Assalamualaikum hürmetli televizor körgüçüler. Haftalık mühim haberler programımızga hoş geldinler. Ben program riyasetçisi Reyhan Tecelli. Tövende dehqonlar haftalık mühim haberlerimiz bolsun. Şinjan Qashqar bilan bir balbaq bir yo'l talash tartishni hal qilish markazi o'rtaq qurdi. Şinjan gazetining xabarida 9-ayning 27 kuni Şinjan shahri bilan Qashqar shahri o'rtaq holda Şinjan xalqaro kesim mahkamasi, Qashqar sudda qarab chiqish markazi va bir balbaq bir yo'l Qashqar talash tartishni hal qilish markazini qurgan. Xabarda yana bir balbaq bir yo'l talash tartishni hal qilish markazi, Şinjan xalqaro kesim mahkamasi birinchidan rayon hamkorligi endisida yangilik yaratishining darajasini o'stirdi deb ko'rsatilgan. Bu merkezning qurilishi Qashqar shahrining xalqarodagi o'rnini yuqori ko'tardi. Shundaqla yana Qashqar shahrining bir balbaq bir yo'l strategiyasidagi muhim o'rin ekanligini tushuntirdi. Mohiyatdan qaraganda bu Qashqar shahrini yo'lash bo'lmasdan bir xil yangi shakldagi aholi ko'chirish bo'lishi ehtimoliga yaqin. Chunki Qashqar shahrida hozircha texnik xalqaroliq kesim organlarida ishlaydigan qonun xodimlari yo'q. Demak, xodimlar Şinjanning o'rin Qashqarning degan gap. Uningdan boshqa bu xalqaroliq organning hozirgidek jiddiy vaziyatda Qashqar shahrida qurilishi jamiyat amonligini davomli kuchaytirishning yana bir bahonasi bo'lib qolishi mumkin. Qashqarda qaranchuqsiz qolgan bolalar haqidagi bir qism uchurlar oshkorlandi. Ayşin Yo'rgan ismi deb oldim. Lekin bu yengam menga degan vaqtida shu Daraltam qolib ketdi deb shunda degan. Erkin Asiya radiosining xabariga qaraganda, yaqindan buyon har qaysi matbuotlarda tarqalib kelayotgan Uyg'ur diyoridan bir qancha milliondan ortiq Uyg'urning Xitoy hukumati tomonidan atalmış qayta tarbiyalab o'zgartish lageriga solinganligiga oid xabarlar torlarda keng omilinishiga ergishib, bundaq bir nachar vaziyatning farzandlarga paydo qilayotgan salbiy ta'sirimi dunyodagi har qaysi ellarning diqqatini chekayotgan bir qiziq nuqta bo'lmoqda. Nurg'un ota-onalarning begunoh lagerga solinishi sababli ularning farzandlari ota-ona muhabbatidan mahrum qilib, Xitoy hukumati ochgan Daraltam va bolalar lagerida tarbiya olmoqda ekan. Bunda qaranchuqsiz qolgan bolalarning ba'zilari Xitoy hukumati chiroyli nomlar bilan atib olgan Daraltamlarga yo'llansa, yana ba'zilari bolalar paravonlik o'rinlariga avatilgan. Bu bolalarning ichida yosh eng kichiklari aran 2 yosh ekan. Xitoy yaqindan beri Uyg'ur diyoridagi 2 yillik haqsiz yasli ma'rifni maqtab keldi. Bu qarmoqqa noit qaltis va saxiylik bilan elib berilayotgan programmada ko'rinsimi, ammo buning ichiga intayin yomon bir g'araz yoshirilgan. Xitoy hukumati avval cho'nglarni lagerlarga solab, bolalarni ularning bu mo'minlarining qarshiga qoldirib qo'ygan. Shundaqla ularni qattiq nazorat ostiga olgan. Bu amaliyotda 80 va 90 yillarda tug'ilgan bir avlod Uyg'urlarni o'zining madaniyat va kimlik yildizidan qo'mirib tashlashdan boshqa narsa emas. Farzandlarning bundaq kichik vaqtida ota-onasining mehr muhabbatidan mahrum qilishi ularning o'sib yetilishiga qattiq salbiy ta'sir paydo qiladi. Bundaq bolalarda har qanday vaqtda o'zini to'van ko'rish psixikasi shakllandi. Shu sababdan ulardan keyingi avlodlardami bundaq passiv psixikalik hodisa davomlashib mangdi. Xitoyning qilayotgani garchi qarmoqqa bolalarga ko'ngil bo'lishda ko'rinsimi, ammo bu bir millatni yushirin qirg'in qilishdan boshqa narsa emas. Uyg'ur rayonidagi yig'ilish lagerlaridan bir turkum qonunsiz tutqun qilingan Uyg'urlarning Xitoy o'lkalariga yo'tkilishiga boshlaganligi haqidagi uchurlar jazmlashmoqda. Erkin Asiya radiosi muxbirlari bu o'lkaning Chechixar shahridagi Taylay turmasiga bir turkum Uyg'urlarning 20 kunning oldida yo'tkab kelinganligi yerlik doiralar tomonidan dalillanganligi to'g'risida xabar bergan. Uyg'ur rayonidagi yig'ilish lagerlaridan bir turkum tutqunlarning Xitoy o'lkalariga yo'tkilayotganligi haqidagi farazlar va uchurlar muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilarini jiddiy andishaga solmoqda. O'tgan juma kunidagi xabarda Qashqardan bir turkum tutqunlarning Najmiddin Badal Hoji qatorliq saqchi xodimlarining nazorat ostida Xitoy o'lkalariga yo'lga solinganligi dalillangan. Ammo ularning aniq holda qaysi joylarga opirilganligi oydinlashmagan. Uyg'ur rayonidan Taylayga mahbus yo'tkalganiga 20 kunchi bo'lgan. Qashqardan bir qatimda 2000 kishi yo'tkalgan va ularni yo'tkashga 43 nafar saqchi xodimi nazoratchilik qilgan. Türkiye Avazi Radyosu xabari.
Amerika muavin prezidenti Mike Pence Amerika xalqining ra'yini burumlash jihatda Xitoyning elib berayotgan faoliyatlarining Rossiyaninkidanmi eshib tushganligini bildirdi. Mike Pence Xitoyni ayblab, Prezident Trumpning savdo va iqtisodiy faoliyatlar orqali tashqi siyosatda yangi burilish boshlaganligini va Xitoyning bo'lsa uni ojizlatishga urinayotganligini aytdi. Muavin prezident Mike Pence Hudson institutida so'zlagan nutqida Xitoyning kuchini Amerika siyosatiga va ichki ishlarga aralashish uchun texmo aktiv majburlovchi usullar orqali ishlatayotganligini bildirdi va Xitoy boshqa bir Amerika prezidenti xohlaydi dedi. Xitoyning Trumpning savdo ishlariga nisbatan qo'g'dash xarakterlik yo'lga qo'ygan tamujna beji belgilamalariga javob qaytarishda Amerikaning 2018-yil noyabrda o'tkaziladigan saylovlarda muhim rol o'ynaydigan shtatlarni va korxonalarni hujum nishoni qilayotganligini ta'kidlab, Xitoy hukumatining Donald Trumpga tarafdorlarining ovoz bermasligini ishga oshirishni orzu qilayotganligini ilgari surdi. Mike Pence Amerika xalqining ra'yini burumlash jihatda Xitoyning elib berayotgan faoliyatlarining Rossiyanikidanmi eshib tushganligini bildirib, bir istixborot mas'ulining ruslarning qilganlari Xitoyning davlatimiz miqyosida qilganlarining oldida hech narsa emas deganligini so'zlab berdi. Mike Pence Xitoy hukumatining Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy baza qurilishi faoliyatlari va manver o'tkazayotgan Amerika paraxodlariga to'sqinlik qilishga urinish harakatlariga norozilik bildirib, Amerika harbiy paraxodlari xalqaro qonun yo'l qo'ygan va davlat manfaatimiz taqozo qilgan har qanday yerda faoliyat qilishni, uchishni va ta'sirni kuchlantirishni davomlashtirdi dedi. Amerika muavin prezidenti Mike Pence Amerika korxonchilarini ogohlantirib, Xitoyning bozorlarga singib kirilish urinishlariga qarshi sagik bo'lish kerakligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trump oldingi hafta Xitoyning 2018-yillik saylovlarda demokratchi raqiblariga yordam qilish uchun mudohala qilayotganligini ayblagan edi. Sharqiy Turkistondagi yerlik aholilarining stansiyasiga oshkorlashicha, yerlik hukumat 9-oyning 26-kunidan boshlab poyez orqali Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq oz sonliq millat musulmonlarni to'shiydi ekan. Sharqiy Turkistonning janubidagi musulmonlar Sharqiy Turkistonning shimoliy rayoniga, shimoliy rayondagi qozoqlar bo'lsa Gansu rayoniga yo'tkiladi ekan. O'tgan hafta stansiyamizning Uyg'urcha bo'limi Qashqar Koni shahar soqchilaridan Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning zo'r ko'lamda ko'chirilganligi xabarini isbotlagan edi. 9-oyning boshlaridan buyon lagerlardagi musulmonlarni bara-bara boshqa rayonlarga yo'tkilgan. Yo'tkildiganlarning soni 2-300 ming odamdan oshadi ekan. Nomsiz bir kishi 1-oktyabr dushanba kuni Erkin Osiyo radiosiga oshkorlashicha, yerlik hukumat xalqaroni aldash uchun oz sonliq millat musulmonlarni yo'tkab akitishga majbur bo'lgan. Uning deyishicha, birinchi, Sharqiy Turkistondagi yerlik turmalarda odam butunlay to'shib ketgan. Ikkinchi, hukumat maxfiyatligini saqlash. Chunki bu turmalardagi guntupaylar bo'lsin, saqchilar bo'lsin, nurg'un xizmatchi xodimlarning 100dan birining bo'lsa-mu yerliklar bilan munosabati bor. Tutilganlar bek ko'p bo'lgach, turma boshqaruvchilarining yaqin tuqqanlarini tutib so'langan. Ondan ularning xabarlarini sirtqa tarqatgan. Ili oblastlik hukumat yaqinda siyosiy tarbiyalash lagerlarini ichki jihatdan boshqarishni kuchaytirish to'g'riliq hujjat chiqargan bo'lib, uchurning sirtqa oshkorlanishining oldini olish uchun tarbiyalash lagerlarini qattiq boshqarish buyurilgan. Yana bir materialda ko'rsatilishicha, siyosiy qayta tarbiyalash markazlarini kuchaytirish tadbirlari deganda tarbiyalanguvchilar bilan boshqaruvchilar orasida tuqqan, do'st, xizmatdosh degandek har xil murakkab munosabatlar bo'lib, bundan keyin ruxsat qilinmaydi ekan. Shunga ular sirtdan boshqaruvchilarni bu yerga yo'tkab, bu yerdagi mahbuslarni u yoqqa avatmoqchi dedi. 9-oyning 17-kunidan 21-kunigacha Ili oblastidagi necha ming musulmon kishilar har qaysi joylardan Altay viloyatiga yo'tkalgan. Altay'dagi musulmonlar bo'lsa Sanji oblastiga yo'qlangan. Ondan boshqa Sanjiga so'langan musulmonlar bo'lsa 1000 kilometr yiroqlikdagi Gansu o'lkasiga yo'tkalgan. Chet eldagi musulmonlarning stansiyasiga bildirishicha, Qashqar, Aqsu qatorliq joylardagi nurg'unlagan Uyg'urlar G'o'ljidagi ishlab chiqarish bintvanlarga yo'tkalgan. Yerlik hukumat qarovullarning mahbuslar bilan til biriktirib olishidan saqlanish uchun yuqori maosh bilan Gansudan boshqaruvchilarni taklif qilib, tarbiyalash lagerlarida yetakchi qilgan. Kunas nahiyasida yerlik hukumat yuzlagan saqchilarni tashkillab, minglagan mahbuslarni tarbiyalash lagerlaridan maxfiy yo'tkashga o'rinlashtirgan. Yo'tkash jarayonida ko'chalardagilarning rasmga tortishi,
aholilarning deraza echishi, shaxsiy mashinalarning yo'lga chiqishi qattiq cheklangan. Bir musulmonning bildirishicha, necha ming kishi eli poyezd stansiyasiga elib berilgan. Ammo ularning qayerga yetkazilganligini bilmaydi ekan. Bir ayolning muxbirga oshkorlashicha, yaqinqi bir necha kundan buyon Sharqiy Turkistondagi har qaysi joylardan cho'ng avtobuslar Urumchiga uzilmay kelayotgan bo'lib, avtobuslarning derazalariga qor parda tortilgan. Liqqida to'shqizilgan erlar, ayollar bor ekan. U ayol anglashimcha odam bek ko'p tutilgach, kishilar poyezdlarda turkum-turkumlab ichkariga to'shilib yetibdi dedi. Yo'tkashni qulaylashtirish uchun temir yo'l va tosh yo'llar qamal qilingan. Bir hafta avval yerlik hukumat tosh yo'l qatnashi zo'r miqdordagi transport xizmatining höddisidan chiqolmaydiganligini ko'zda tutib, poyezd orqali tutqun qilinganlarni yo'tkaydigan bo'lgan. Urumchi Kashlik gazeti 9 oyning 26 kundagi xabarga asoslanganda, yo'lovchilar poyezd liniyasini tangshash ehtiyojidan Sharqiy Turkiston temir yo'li vaqtincha yo'lovchilar biletini sotishni to'xtatgan. Shu kundan boshlab 10 oyning 22 kuni va keyingi kunlardagi poyezd biletlarini sotishni to'xtatadiganligini, asli keltirish vaqti ayrim uqtirish qilinadiganligini e'lon qilgan. Ammo hukumat bu ishning konkret sababi va qatnashni asli keltirish vaqtini aniq bildirmaganligi har xil gumon va munozaralarni qo'zg'agan. Urumchida turishliq bir kishi dushanba kuni istansiyamizga hukumatning bilet sotishni to'xtatishi ularni hayron qoldirdi va nurg'un tashvish paydo qildi. 9 oyning 26 kundan 10 oyning 22 kunigacha Urumchi temir yo'l idorasi bilet sotmaydi ekan. Bu mezgil qatnash jiddiy mezgil tursa, nemishqa bilet sotmaydi? Kishilar turmadagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq boshqa musulmon millatlarni ichkiridagi turmalarga yo'tkishishdan gumon qilyotdi dedi. Uningdan boshqa Aqsu temir yo'l boshqarish idorasi Shoyar tarmoqi 9 oyning 30 kuni uqtirishida havo rayi sababli Tilmat tonneli atrofida keng ko'lamli qor yig'ilib qoldi. 217 nomerlik davlat tosh yo'li taqiladi. Kelar yili 4 oyning 30 kuni asli keltirildi deyilgan. Bir kishining istansiyamizga bildirishicha 217 nomerlik davlat tosh yo'li bo'lsa, janubiy shimoliy sharqiy Turkistonni tutashtirgan asosliq yo'l ekan. Uning qarashicha, yo'lni taqashning yana bir sababi sharqiy Turkistonning janubidagi mahbuslarni Kuytun poyezd bekitiga yo'tkab, Kuytundan ichkariga yo'tkash ekan. Yana ba'zilar qurolliq harbiy qism 217 nomerlik davlat yo'li orqali Eli, Qashqar qatorliq joylarga askar yo'tkab, Uyg'urlarni boshqa o'lkalarga yo'llab aparish ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdulazizga tahdid soldi. Turkiya ovozi radiosi xabari. Trump Mississippi shtatida partiyasi tarafidan bosqichliq saylam uchun o'tkazilgan safarbarlik yig'ilishida qilgan so'zida Podshoh Salmanni Amerika askarlarining qo'g'dayotganligini, agar Amerika askarlarining yordami bo'lmasa, 2 hafta ichida hokimiyatdan ayrilib qolganligini, shunga uni buning uchun cho'qim badal to'lishi lozimligi to'g'riliq ogohlantirganligini ta'kidlab mundoq dedi. Podshoh Salman yaxshi ko'rman, lekin men uningga aytdimki, qarang podshoh oliylari, biz sizni qo'g'dayotimiz. Agar bizning yordamimiz bo'lmasa, 2 hafta ichida hokimiyatdan ayrilib qolsiz. Shunga buning uchun cho'qim badal to'lishingiz kerak. Rostini aytganda, sizning shunday qilish majburiyatingiz bor. Donald Trump podshoh Salman bilan qachon paranglashganligi haqida ma'lumot bermadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdulaziz bilan o'tgan shanba kuni telefonda kurashganligi xabar qilingan edi. Kanada Samsung Chi'ga berilgan faxriy fuqarolikni qaytarib oldi. Turkiya ovozi radiosi xabari. Kanada parlamenti davlatidagi oz sonliq musulmonlarga yurgizilgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilgan Birma tashqi ishlar ministri qo'shimcha prezidentlik mahkamasiga mas'ul davlat ministri San Sunchiga 2007-yili berilgan faxriy fuqarolikni amaldan qoldirdi. San Sunchi Kanadada faxriy fuqarolik salohiyati qaytarib ilingan tunji kishi bo'lib qoldi. U uyga nazarband qilingan mezgildagi demokratik kurashlar sayısida 1991-yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan edi. O'xshash bo'lmagan davlat va shaharlardan olgan sharaf medallaridan sirt, Kanada hukumati 2007-yili uningga faxriy fuqarolik salohiyati bergan edi. Birma lideri Aung San Suu Kyi'ning yuqori darajalik mansabni ustiga olgandan keyin 2017-yildan buyon 700 mingdan ortiq arakanlik musulmonning qo'shni davlat Bangladeshga qochib ketishini keltirib chiqargan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti BDT etnik tozalash deb baho bergan zo'ravonlik voqealariga dafsandichiliklarga qarshi chiqmaslikka norozilik paydo qilgan edi.
Angliyaning Oxford va Irlandiyaning Dublin shaharlari Aung San Suu Kyi'ga berilgan Nobel mukofotining qaytarib olinishi to'g'risida chaqiriqlar e'lon qilingan. Imzo to'plash faoliyatlari o'tkazilgan edi. Kanadadagi kishilik huquq faoliyatchilari uzundan buyon imzo to'plash faoliyatlarini elib berish va namoyishlarni o'rinlashtirish orqali Suu Kyi'ga berilgan fuqarolikning bekor qilinishini talab qilib kelyapti. Kanada baş ministeri Justin Trudeau oldingi kuni bayonot berib, qaror chiqarish o'rnining federatsiya parlamenti ekanligini aytgan va faxriy fuqarolikni amaldan qoldirishning irqiy qirg'inchilik uchragan musulmonlarning azoblarini yengillatish uchun kifoya qilmaydiganligini eskartgan edi. Belgiya Uyg'ur jamiyati bilan birlikda erkinlik karvoni nomida namoyish qilayotgan yoshlarning o'rinlashtirishi bilan 1-oktyabr kuni Belgiya poytaxti Brusselda namoyish o'tkazilgan bo'lib, namoyishga qatnashish uchun 11 ga yaqin davlatdan Uyg'urlar kelgan. Xalmurod Uyg'ur tashkillagan erkinlik karvoni namoyishi bu qitimliq namoyish bilan oxirlashadi ekan. İstanbuldagi Uyg'urlar Xitoy konsulxonasi oldida namoyish ilib bordi. 1-oktyabr kuni, ya'ni Xitoy kommunist hokimiyatining qurilgan kunini Xitoy kommunist hukumatining Uyg'urlar diyorini ishg'oliyat ostiga olgan matam kuni sifatida hisoblaydigan İstanbuldagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan İstanbuldagi Uyg'urlar Xitoy konsulxonasi oldida namoyish ilib berilgan. Namoyishga İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib 2000 dan ortiq kishi qatnashdi. Namoyishga Turkiyadagi Doğan xabar agentligi, İxlos xabar agentligi, Turkiya radio televiziya kanali, TV 5 kanali qatorliq televiziya kanallarining muxbirlari kelgan bo'lib, ular bu haqda xabarlar tarqatdi. Germaniyada Xitoyning davlat bayrami kuni namoyish ilib berildi. Germaniyaning Myunxen shahridagi Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkilotining o'rinlashtirishi bilan Xitoyning Myunxen shahridagi yangi konsulxonasi oldida namoyish ilib bordi. Myunxen shahrida o'tkazilgan bu namoyishga bir qism do'q rahbarlari va Uyg'ur jamoati qatnashdi. 23-sentabr boshlangan bir haftalik Norvegiya ziyoratini natijalik oxirlashtirib, 30-sentabr Myunxenga qaytib kelgan do'q raisi Dolqun Aysa apandi bu namoyish maydonida Uyg'ur jamoatiga nutq so'zlab, Xitoyning bostirish siyosatlariga qarshi kurashni barg'ansir keskinlashtirishni, asoratga qarshi ifoda bildirish ko'rishini qanot yoydirishni tashabbus qildi. U so'zida yana 11-oyning 6-kuni Janvada ilib berilgan keng ko'lamlik namoyishga Uyg'ur jamoatini safarbar qildi. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, haftalik muhim xabarlar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Ko'rguninglarga rahmat. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsa-mu kuch qo'sh niyatida Uyg'ur Yar ona til televiziyasi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib 2-chi qitimliq Uyg'urim onam temasida mukofotli asar qabul qilish faoliyati o'tkazmoqchi. Asar qabul qilish adresi uyg'uryar123@gmail.com. Mukofotlash natijasini ona til televiziyasi va Uyg'ur Yar tor betida e'lon qilamiz. Tor bekat adresimiz www.uyg'uryar.org, www.onatil.tv. Gollandiyaning Den Haag shahridagi Kanavay restoranimizga xush keldingiz. Restoranimiz har turli milliy taomlarimiz bilan sizni kutib oladi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz muhtaram qarindoshlar. Haftalık muhim xabarlar programmamizga xush keldinglar. Bugun programmalarimiz bir qadar zich o'rinlashtirildi. Oldi bilan biz bizningki strategiya mutaxassisimiz doktor Erkin Akram efendim bilan yuqorida riyosetchi Reyhan Tecelli'nin o'rinlashida bizlarga sunilgan xabarlar to'g'risida biz mulohiza ilib boramiz. Mulohizadan keyin bizningki diniy suhbatimiz bo'ladi. Diniy suhbatimizdan keyin yaqinda Turkiyada o'zininki oilasining zulmga uchraganligi tufayli dunyoga imzo to'plash faoliyati boshlatgan qarindishimiz Adil Hajimninki hayot qissasi, oilasininki Sharq Turkistonda ko'rayotgan, ya'ni Xitoy turmalarda, kamplarda ko'rayotgan zulmini naq maydon suhbat orqali sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Albatta, ekranimizda bizning telefon nomerimiz ko'rinib turibdi. Biz bu suhbatni sizlar bilan birlikda qilamiz. Har zaman sizlar bilan birlikda paranglashimiz, bir-birimizga dardimizni bu yerda to'kishimiz, fikrlarimizni ilmiy shaklda haqorat so'z ishlatmasdan o'tirib qo'yishimiz va bu orqali o'zimizningki bugungi dunyoda qiladigan vazifalarimizni davomli esga olamiz aziz qarindoshlar. Men tövanda hurmatli Erkin Akram efendimga hemen aloqani ulayman inshaalloh va bugungi xabarlarning mulohazasini hamma bilan birlikda bu kishi bilan paranglashamiz. Assalomu alaykum. Sizning ovozlar herhalde men anlayamay qoldim. Yana bir sınıf bakaylı. Erkin Ekrem efendim ikramımıza hoş geldiniz. Atı kilo otamda. Emdi yaxşı elhamdülillah. Bazen tor meselesi tüpeyildim şundaq çıkmaya kıldığına vallahi yüz berdiken. Hoş, yukarıda belki bizden programımızı ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bizning Sharq Turkiston munosabatlik va xalqarodagi bo'layotgan ishlar va bizningki muhojirlarimizga munosabatlik bo'libmi yaqinqi kunlarda bizning yurkimizni og'ritayotgan bu Xitoy tajovuzchi fashistlarninki kampidagi Uyg'urlarni, ya'ni turmalardagi Uyg'urlarni ichki o'lkalarga yo'tkishi bizni bek ensirtayotdi. İçki ülkelerge yötkeşler emas, belki qarindoshlarımızga texmo nim bo'lmasin deymiz, ümidsizlik keltirmasin deymiz. Xitoyninki nayt cho'ng bir suiqasdninki bo'layotganligi ko'zimiz ko'rinyotdi. Bu masalani biz sizlar bilan bugun bu yerda naq maydonda qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Men bir tarafdan texnikalik masalalarga qarag'ach so'zni sizlarga beraman. Yani ben tünügün bir mescitke bağdım. Bizimki derdimizni anlatış için, bu yerde broşür taqıtış için bağdım. Ve şu yerdeki Türk qarindoshlarımızga Sharq Turkiston meselesini anlatqıcı aralıqda ben özüm chidayolmay sözün 20'ga kelganda men anlatmasam bo'lamdi, depamsam bo'lamdi desem ola bo'ladi dedi. Shuning bilan sözün 20'da men o mescitning choyxonasidan, ya'ni qarindoshlar o'ltuğa yerdan yenib chiqdim. Yani özüm davatgan sözge özüm chidayolmadim. Ama men eng hayron qoldig'ini u yerda o'ltirayotgan insonlarning, Türk qarindoshlarimizningki normal bir şekilde sözlerimni anglayotganligi, uni qabul qilayotganligi, bir hayronlik bo'lgan taqdirdimi, ammo bir tarafdan uni yani bu qandaq ishdi deb ishongiz kelmayotganligi meni bek hayron qoldirdi. Demak ki bizning dardimiz bek cho'nkan hamda nima ish qilishimizni bilmaydi ekanmiz bugungi kunda. Hatto bir odamga dardimizni anglitaylik deb anglitolmaydigan bir yerga tushib qoldik. Biz qandaq bir holatga tushib qoldik. Men o'zim hayron qoldim o'zimizningki bu ahvoldan. Shunga sizlarning men bugun yana bir unvonlarini yana bir so'rayman, chunki sizlardan umidimiz cho'ng. Yani sizlar
Türkiye'de bir Ali mektepte üniversitet o'qituvchisi, shundaqmi? Shunda. Uningdan keyin men savolimni so'rayman. Undan keyin davlat strategiya idorasidami ishlamlar yoki uni Shunda. ya'ni Turkiya davlatining strategiya yoki idorasida u yerda vazifalarchi normal. Bu strateji düşünce enstitüsü deydiğim bir enstitü var. Hı hı. Bu enstitününki şu taşkı siyasetinki koordinatörü. Tashqi siyosat. Yani taşkı siyaset ve şu halkara münasebetininki bir bölümü var. Aşı bölümünün başlığı. Benimki esasen mavu nimem saham yani tetkikat saham Orta Asya'dan şu Şark Asya için. Yani mening buni yana bir so'rishim xatolashmabdimi? Demakki bir davlatning strategiya sohasida ishlayotgan sizlardek cho'nglarimizningki bugungi kunda xalqimizga jiddiy bir strategiya, amal, bir narsa ko'rsatishini shaxsan men va yoki butun qarindoshlarimiz umid qildi deb qarayman. Biz nima ish qilishimiz kerakki bu Xitoyning bu maqsadini biz bilaylik. Ya'ni bugun Xitoy bizni ajoyib oldi o'tib bordi. Oldigan vaqtidami ajoyib. Ya'ni avval tilning gapini chiqadi, qo'sh til ma'rif degan narsani. Undan keyin bu kampda tarbiyalash degan gapni chiqadi. Ma'qul deb tursak bu bizning qizlarimizni Xitoylarga to'yilishga majburlab bir tarafdan uni besim qildi. Uningga hamda amalimiz yo'q deb dunyodan ovoz chiqmagandan keyin biz amalsiz qo'limizdan kelgan imkoniyatni qilayotgan bugungi kunda darhol kamplardagi Uyg'urlarni sirtqa, ichki o'lkalarga, turmalarga yo'tkab bu iniqdan iniq bir millatni yer yuzidan yo'qotib o'taman deyotdi. Biz buni bekla amalsiz qilyapmiz. Bugungi kunda imzo to'plash faoliyati bo'ladi. Ma'qul imzo to'plansin, imzom 100 mingga yetsin, 50 mingga yetsin. Avstraliyadagi imzom 10 ming imzo dedik, uni yetkazdik. Hozir 100 mingga yetayotgan bir imzo bor. Bu Xitoy atogin bu kamplarni pokizlab, mana kampi qiynasan deyotgan kampi yo'q, men tarbiyalab hammani biz joy-joyiga tarqoqlashtirdik demdi. Bu imzoning bizga qanchalik foydasi bo'ldi? Xitoy bizga bu shumakni sep qo'yib, bu imzgini sep qo'yib bizni qayerga olib bordi? Bu jihatda sizlardek strategiya mutaxassislari oldin ko'rarlik bo'ladi. Be taxminiy ko'z qarashinglarni. Bilaylikki Xitoy bizni nima qilmoqchi? Mening birinchi savolim shu bo'lsin. Mishadin kiraylik. Hem de Xitay bizni yo'qotishga tirishyotir. Buni necha yildan beri da'vatimiz hamda. Xitoyning payli yamandir. Aslında 2014'ten başlayan bu. Ama biz o vaqtida onunla ciddi qaramadik. Keyingi vaqtlarda bağan siri bu vaziyatlar qiyinlashgan siri onundan keyin buni ko'gilib başladı. 2014'ten evvel mi Tibet'te mi başlayan bu bunda lager meselesini. Onundan keyin nima Tibetlerden evvel mi şu Falun Gong'la başlayan. Keyin de bizning memlekette bunu başlaşının sebebi yalnızla hazır biz avatkan İpek yolu stratejisi bile emez. İpek yolu stratejisi oturup çıkmasından evvel Xitoy bizni yo'qotishga tirishgan. Eğer de buna yani tarihten de gelsek meyli Kuomintang hükümeti bo'lsin, meyli şu Kumsandan hükümeti bo'lsin, bular hemmisi şu rayondaki Uygurlarni yo'qotishga tirishyapti. Meyerdeki yo'qotish ma bu fiziki jihatdan, yani fizyologiya jihatdan yo'qotish emas, yani bedeni yo'qotish emas. Bizninki kimligini yo'qotish. Yani biz adam yani bir beden bulup yaşayımız ama bizninki kimligimiz yok degan gap. Kimligi bo'lmagan bir cemiyet millet bulamaydı. Millet bulamagandan keyin devlet mi kuramaydı. Bunu aldın elish uchun Xitoy hozir qilayotgan siyosetlarimiz shunga qarta qilingan. Xitoyninki bu assimilyatsiya siyosatininki oxirida biri shu homojenleştirmek degan bir gap bor, homojen. Yani Uygurlarning tarkibi bilan Xitoyning tarkibini o'xshashlashtirish. Men sizningki mishada men bir so'z qataman. Sizning mush fikrlarga qarshi chiqsam bo'lamdi. Xitoy bizni fiziki jihatdan yo'q qilish emas, balki fizikimiz bor, jismimiz bor, ammo uyg'urligimiz yo'q holatda degan mush gaplarga qarshi fikr qilsam bo'lamdi. Bo'ldi. Ya'ni Xitoyning bizni fizik jihatidan yo'q qilib o'tish qadimiga tushayotganligini his qilyapmiz. Ya'ni ajoyib dahshatli xabarlarni anglayapmiz, uni xalqqa oshkorligini bo'lmaydi hozir.
Agar imkon bo'lsa bugun men bir qismini oshkorlashim mumkin. Ya'ni bizni Xitoy fizik jihatdan yo'qotishga ilib beryotdi deb o'ylayman. Buningda siz bir isbotliroq bir shaklda nima qilib berasiz. Chunki ichkariga yetayotgan turmalarga va bu Gansuning o'rtasidagi o cho'llikka 1 million odam sig'adigan bir kampning qurilganligini uni zaten anglayapmiz. U xabarga ko'nib qoldik, ammo bizni undan keyin Uyg'ur xalqi 5-6 million degan gap chiqdi. Undan keyin Wang Yi degan bu Xitoy 2-3 kunning oldida degan so'zda Sharq Turkistondagi, ya'ni Xinjiangdagi 20 million xalq bu nimani qo'llaydi, hozir kamplarda bo'layotgan faoliyatlarimizni bizni qo'llab qizg'in deydi. Buningki da'vatgan soni Uyg'ur xalqini ko'rsatmaydi. Xitoy azaldan bizni 20 million deb boqmadi. Bu Sharq Turkistonda yashayotgan 100 millionlar yoki 50 millionlarcha Xitoyninki qisqartib atlangan shakli bu. Ya'ni Xitoyni deyapti bu. Sharq Turkistondagi 20 million Xitoy xalqi bunga qarshi chiqmaydi deb Uyg'urni asosan bir yo'q yerga ekilyapti. Uning uchun men Uyg'urni Xitoy fizik jihatdan yo'qotish qarab yuzlandimiki deb o'ylayman. Gapim tugadi. Aslında mayli Xitoyninki bergan raqami bo'lsin, Uyg'urlar hozir shu 11-12 million atrofda. Undan keyin qolgan millatni Xitoyni qo'shgan vaqtida 23 million atrofda. Bu 2014-ningki raqamga qaraganda. Shuningga bizningki shu sirtdagi Uyg'urlarning davatdan 25 million bo'lsin, 30 million bo'lsin. Unda bir millatni hammani qurtitish imkoni yo'q endi. Hozirgi paytda. Shuningga hozir men deganda kimlikni yo'qotish uchun 1-2 million odamni o'ldirib turib, undan keyin qolganlarni ashunday bilan qo'rqitib turib, mal Turkcha deganda sindirish, ya'ni meningki siyosatimni sen qabul qilsa degan bir holga kelish. Bo'lmasa bu yerda 10 mayli Xitoyning raqamini deyli 12 million yoki chet eldagi raqam bilan 20-30 million deyli. Bunda odamni yo'qotish unda oson bir ish emas meningki ko'z qarashimda. Hamda boshqa misollarni ko'radigan bo'lsak, misol Xitoyning janub taraflarida nurg'un millatlar bor. Bu millatlar hammasi shu kimligini yutib qo'yib, shunda bir yit bayramlarda bo'lgan chaqda kiyimini kiygizib qo'yib, sahnaga chiqarib qo'yib, ko'rsatib qo'yib qarab turdi, ammo ularningki badanini yo'qotgani yo'qdir. Ya çünkü bunda bir asan bir mesele emas bu. Eğer de aşındalı bo'lib ketadigan bo'lsa, dünyama qarab turmaydi u vaqtida. Jim turgan bu Müslüman devletlerme u vaqtida ovoz chiqarishga majbur qoldi. G'arblar hozir ovoz chiqaryapti. Shuningga shu badan jihatdan yo'qotish oson bo'lmasligi va Xitoyningki qolgan millatlarni yo'qotish jarayonida ularningki kimligini yo'qotgan bunday bir misolları bo'lg'ashqa men bunday da'vatman. Yani sizlar demoqchi bo'lganlar Xitoy, yani bu so'z bizga biroz umid bag'ishlaydi. Shaxsan xush bo'lamiz Xitoyninki bizning fizikimizni, Uyg'ur xalqining jismini yo'q qilolmaydi degan bu umidlik so'zlar bizni xush qiladi. Ya'ni ilmiy jihatdan bu paketlarni o'tirib qo'yayotibsizlar, boshqa millatlarni bu fizik jihatdan yo'q qilolmagan deb. Ama Xitoy o kadar qo'rqinchli bir millatken. Bular bizni bek oldi o'tib bordi. Hozirning o'zida aldinish ishida bizki sizlardek mutaxassislar bugünkidek mana shunday so'rovlarda bizga ya biz nima ish qilamiz? Biz tunigun men o'zimning dardini anglatqali berib, anglatolmay yenib chiqdim. U oldingizda sizning dardingizni anglayotgan millat, insonlar shunday anglayishlik, shunday ilmlik adamlar, hamma işte men bor deb turadigan adamlar bu anglabmı ishonmayotdi bu gaplar. Ishonmagandan keyin men ikki tarafdan bu yerda hujum bo'lib, ya'ni bu meni anglayotgan insonning ishongisi kelmaydi bu bir. Ikkinchisi o'zimning ishongisi kelmaydi ba'zi gaplarga. Uchinchisi uningga chidayolmadim. Men shunday ig'ir darajada ajoyib bir durumga holat tushib qoldik. Hatto Yahudilarningki kuni bizga keldimi nima? Yahudilar ko'rdigan kunni biz ko'ramdik nima deb bak qo'rqdim. Yani sizlar buni bir amal teping. Yani siz buni bir amal teping, eng to'g'risi. Endi hozir shu 21-asrda inson insonga qilgan muomalasi bir-birini o'ldirish bo'lgandan keyin nurg'un davlatlarda buni davlatning xalqi bunga ishonamaydi.
İkinciden bu 1 milyon adamını kampta solap ulanı yoktuşka tırışıvatıdı. Yani ruhlarını, kimliklerini yoktuşka izip yoktuşka tırışıvatıdı. Bunda ahval 21. yüzyılda halklarga işendiriş pek iyi. Misal ötkendime misal verdim. Misal Norvegiya 5 milyonluk bir devlet. Eğer de bu 1 milyon adamını mışında tutup qiynavatıdı, zulüm gösterivatıdı dese ulan pek işini bitemeydi. Üzününki devletininki nüfus rakamga qarab. Ama Xitayning nüfusuga qarash lazım da. Xitayda 1,20 milyar nüfus var. Ondak degende yani 1 milyon Xitayning ko'zida chiq emas bunda hisoblagancha. Biz 1 milyona yalnız lagerdagilarni davatimiz, jazo lagerdagini. Mushu 2010'dan keyin türmege solangan neç yüz ming tehe Uygur yaş vallahi var. Soluvetip 5 yıl solatken bolsa çıkıp yani 10 yıl koşup ya da 15 yıl koşup solavatıdı. Bazılarını mütessiz kılıvatıdı. Hazır lagernınki yani başka bir hıl terbiyeler yani ettigende çakırıp keşte öyge yollavatıdı. Muşlarını hemini jıksak bu sanınki çoğunluğu 3 milyona vardı. Yani Xitay'ınki nişanında hazır bu 3 milyon adam var bir yerde. 1949'dan şu enlik bir gece Xitay kirgenden keyin Şarkı Türkistan'ın. Bir yerde toprak ıslahat dep komşularını ve karhancılarını tutup bularını tenkit kılımız dep kılgan jaryandıma nurgun adam türmege solunup ketken. Şununla şu 49'dan 53 yıllıca arasındaki bizden nüfusu qaraydigan bolsak azayıp qarap mangan yer. Ve bu adamlarınki bir kısmı aşağıda ölüdü, bir kısmı 1980'lerin beşinden çıkışa başlaydı türmeden. Ular çıkan çağda hemisi yerim can bolup kalgan. Yani Xitay'ınki bizninki nüfusunu yokutuş yeni bir narsa emas bu. Burundular şu 49'dan beri kılıp kelyaptı bular. Eğer de Gomindan hükümetinin koşkan takdirde Şinşsay'ınki şu 43. yıldan 44. yılgacha kılgan bu zulümler aş türmede ölgen Uygurların sanını hazırcı bilmemiz. Çünkü bazı malumatlarını jütürvettim, köytürvettim bilmemiz. Bir kısım malumat kaldı. Onunla Tayvan'da bu türmege solangan, öldürülgen Şinşsay hükümetiga şpiyonluk kılgan Uygur degendek kılın bir kitap bile toplap tayyor kılgan. Muşununla qarasaqlar, aşı vaqtda nurgun Uygurlarını yo'qotib etganligini ko'ralaymiz. Yani manda deb kelgan chaqda mayli Xitoy bo'lsin, ularning hammasini niyati Sharq Turkistondagi bu Uygurlarni, yani mustaqil talab qilgan Uygurlarni yo'qotishninki qo'ydi. Mushu keyingi yillarda misolga mayli mushu markazda ichilgan partiya qurultay bo'lsin yoki xalq qurultay bo'lsin, Sharq Turkistonning nüfusununki köpü Uygur buluşu bile o kurultayga ketildiğin sanma köp buluş lazım. Ama yıldan azıyvadıdı. Bu nime köstüdü degende Sharq Turkistonliklar özününki zemininde siyasi merkezden jiroqlashtiribdi degan gap, ya'ni chetga qiqildi degan gap. Eğer de iqtisod chetdan qaraydigan bo'lsakmi, bizda bir cho'ng boylar bo'ldi deb anglayapmiz. Ama 2017'de Xitoyninki en baştaki 2000 bayının ichida 13 bay Sharq Turkistonlik ekan. Ama bularning hech birisi Uyg'ur emas. Bunda degan chog'da biz iqtisodning merkezidan jiroqlashtirildik, ya'ni chetga qiqildi. Onundan bizge has bo'lgan, bizningki bedenimiz bilan, ruhimiz bilan jug'urlan, bizningki medeniyetimiz, kültürümüz, dini itiqadimiz, örf-adetlerimiz, tilimiz muşuma yok oluyordu, yok çıkartışıyordu. Ve bunda degan chaqda bu Xitoyninki siyasetinde bizni tamamen yok çıkartışıyordu. Bunda bir paytda qanday qilamiz degan bir meseleler var. Memleketning ichidagilar tirishmoqda. O'sha keyingi 20 yilda Xitoy hokimiyatiga qarshi nurg'un faoliyatlarni qilib boqdi. Mayli challo bo'lsin, mayli bo'lmasin. Ama ahir kelgan chaqda bu yana tutib chiqamadi. Chet eldagi tashkilotlar bo'lsa,
chet eldeki güçlerden yani halkara güçüden, bazı devletinin güçüden faydalanıp Xitayga bilsin işletiş vasıtası bile o Xitayning Sharq Turkistonda yürgizayotgan siyasetini yenikleştiriş. İkinciden chet elden bir güçni teşkil kılıp işçi bilen alaka kurup müstakillığını kolga düşürüş. Fakat bu yol uzun bir yol. Hazır ciddi bir payette hazır biz diyen şu cezalar meselesi var. Bir adamın nurgun adamlar öyle vardı. King belki tekim 20 can adamlar mı peyda buluş mümkün. Bunda payette kılalaydıgan işimiz chet elden ama işçi dediğime vadiniz chet elden. Şu Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Birliği ve bu Şarkı Cenubi Asya Devletler İktisadi Hemkarlık Teşkilatı var, ASEAN değil. Şundak tek ve şu Müslümanlar Hemkarlık İşbirliği diyen bir teşkilat mı var? Muşlağa müracaat kılıp, aşılarının ki avazıyla, aşılarının ki bizim küçüğüyle Xitayga bizim işletiş. Ve Birleşken Devletler'de karar çıkandek toktasın bu cezalarını digandek işte kararnamelerini çıkarışka tırış lazım. Onun başka yanı nimkıgılıp olduğu digende ve mısıl dep öttünler. Bu imza kampanyasını mı kılış lazım? Namaişlerini mi kılış lazım? Onun kim bazı mehbi işlerini mi gidip iş lazım? Bu olsa tek şu aldığımızdaki 10 yılda yani kıldıgan bazı düşürün işlerini hazırdan başla planlaş lazım. Yani ken dairede köp hıl üsluplarla dünyada bir güçünü teşkil kılış. Xitayga bilsin işilterleydi. Mıjra işini kılıp buludu dep oylayman. Ya bunu Allah razı olsun. Bunu sistemlik şekilde sizle kolluq aldımı? Yani sizle bir stratejici. Men sizninki aldılarda bundak onu kıldınlı mı, bunu kıldın mı deyiş hakkım hiç yok. Ama ben şu sualını sorayım. Bugünkü günde bunun okşagan sözlerini başkalarım kılıp atıdı. Ama siz strateji taraftan kıygallıklar için alaydı bunun orun verişimiz mutlak. Ama bir yer bir mesele var. Ya bu bizim teşkilatlarımız veya ki çoğunlarımız meyli dini organlarımız sildevatkan muşu hizmetinin nerede hazır? Yani köz yumbanmayımız. Dünya Uygur Kurultayı olsun, meyli başka çoğun teşkilatlar olsun, meyli mağarip, ulumalar, başkalar olsun. Hatta şahslar aldığı çıkıp var deyip karayım hazır mı hem? Biz bu yanın nerede? Yani biz bu işini kılıvatamdık, kılmavatmamdık. Yani siz davatkan prinsipal tarafı kançılık bunu. O kalan teşkilatlara ben birinin diyemem. Ola hakkında olanın yeri Türk yapsam doğru olmaydı. Üzerinde Dünya Uygur Kurultayı'nın ki azası bu başka. Bu Dünya Uygur Kurultayı'nın ki faaliyetlerine ve kılatkan işini diyeleyim. Ben diyenler hemisi şu kurultayının ki planında. Ve kılıvadıdı. Ve kinki şu neçe aydan beri, 4. aydan itibaren nurgun faaliyetlerini kılıp kılıvadıdı. Oturlukta mışında çık terakkiyatlar bolgan bolsa bu bigağalar oturup çıkkagan nese emes bu. Bu nurgun uçuk ve yüşürün faaliyetlerinin ki bir neticesi bu. Yani ben şu kurultaydaki azabı başka ben mışınçilik diyeleyim. Kalan teşkilatlar hakkında benim desem doğru bulmaydı. Yani bugün aslında işimiz intayın çatak. Hazır abay fizik ve yani bizim milli mevcutluğumuzni yo'qotish meselesinde fikir o'xshamaslik bo'lishi mumkin ama men qo'rqyapman. Yana bir qatim takrorlayman, Xitoyninki bizningki fizik bo'lgan yani hatto yerimimizni qirib o'tishi mumkinmidi deb, chunki ba'zan xabarlar bak qo'rqinchli. Hatto abay sizlar deylar, masalan bu 50 yildan beri, 60 yildan beri, 100 yildan beri Xitoyning maqsadi bizni yo'qotib o'tish dedik, ama to'g'ri yo'qotib o'tish aynı şekilde devam kılıyordu ama Xitay bugünkidek güçlenip bakkan emas. Bunun qanday qaraylı? Bugünkidek güçlengan mı tarixte bular? Yani bu 200 yıl jarayı. Tarixte Xitay'nınki en çoğun devleti deydigan bolsak bir Han sülalesi var. Hunlar vaxtıda. Bir Tang sülalesi var. Göktürk ve Uygurlar vakti.
Onundaki Mongol, yani Kubilay'ın kurgan Mongol devleti ve Mançurların kurgan Çin sülalesi. Yani Xitay zemininde kurulgan 4 tane çoğun devlet muşlar. Bu çoğun devletler neymiş için çoğun devlet diyen vaxtıda umumi dünyanın ki iktisadi işlep çıkırış gücünün %30'unu teşkil kılalgaçla çoğun devlet. Bir. İkincisi, muşu devletinin ki etraftaki devletlerge, etraftaki rayonga ve dünyaya boğan tesiri. O iktisat buluş mümkün, medeniyet buluş mümkün, kültür buluş mümkün. Bunu bu ölçem bile karayımız. Yani Xitay'ın zemininde kurulgan çoğun devletler var. Şununla Xi Jinping iktidar ama hakimiyetke kelgen almakla Xitay'ın ki düşüşü diyen bir nersini koydu. Bu düşüşünün ki manası yani şu hazırki Xitay'ını yeniden canlandırmamız deydi. Yeniden diyen vaxtıda konusu var diyen efendim. Yani Xitay hazır şu buldu 19. parti kurultay içilgan vaxtıda Xi Jinping'in bir ifadesi vardı. 2020'de namratlıkını yoktur. 2035'te dünyanın ki en çok devleti bile ten buluş ve 2052 bağıncada dünyaya hakim buluş yani Cihangir devlet buluş. Xitay'ın ki bunda bir planları var. Şununla Amerika ya ki başka devletler kakşavatkan sebebinin bir şu. Yani Xitay eğer de güçlük oturup çıkmazsa kandak kılınızda. Şu an aldığında ilişki tırış var dedim. Xitay çoğun devlet kurpakan. Fakat çoğun devletinin ki çoğun mesuliyeti buludu. Eğer de bu mesuliyeti yalnızla Tibet'in Uygurlarına ya ki başka milletlerini yok tuş olsa o çoğun devlet bulamaydı. Her bir başka devletler Xitay'a karşı çıkalaydı. 1900 yılda 8 Cihangir devlet Xitay'a hücum kılan Mançur İmperiyası gibi. Ve Mançur İmperiyasının ki padişahlarına Beijing'de taşlap koyup çıkıp etken. Yani Xitay'ın ki şu Ortodoks düşüncesi deyimiz yani merkezi düşüncesi bile yazılan tarihte 24-26 sülale var. 20 bu sülalenin içinde köpü %90'ı hemisi isyan bile yıkılgan. Yani demek ki Xitay özü yaxşı başkuramıgan vaxtıda özünün içinde mi isyan çıkıp Xitay'ın yıkıtalaydı. Yani Xitay güçlengen siri mesuliyeti mi çoğun buluş lazım, tekimi sırtka uçuk buluş lazım, kang olsak buluş lazım. Ama Xitay bunu kılmayvadıdır. Şununla Xitay'ın ki çoğun devlet buluşu şu çok sıkı çıkan vaxtıda ki hazır çıkıp oldu deyip oylasak buldu. Onun için töven karab mağdı. Tövenge karab mağmaslık için bir yerde ıslahatını ilip yeriş lazım. Bir yerdeki ıslahat yani o innovation yani bir yeni icadını yaratıp durup bir ıslahatını ilip yeriş. Bunu kılamayamadı Xitay'la. Şununla Xitay'ın ki ensireçleri var. Biz yükselip kitivatımız eğer tüygemiş Uygur Tibetler işimizni bozudu. Hazırdan başlapla bunu bitirip kılaylı da oldu. Yani ruh cetten, kimlik cetten bizni izip, bizimki bu alaytligimizni yok tuturup, onun için kıyıp kalan beden hem de Xitay'a betinip yaşaydığın bir halga ekemekçi. Bunun aldığını eliş için yani ziyalılarının kıldığı nurgun işleri var. Misalga Xitay bizning kimlikni yo'qotishga tirishyapti. Undaqda ziyodalar Uyg'ur kimlikni tiklashga tirishmak lazım. Uyg'urlarninki milliy manfikrasini yaratish lazım. Uyg'urlarninki qimmat qarashlarini yaratish lazım. Ve qolgan ziyolilarni siyosiy ziyolilarni buningki yo'l xaritalarini sizish lazım. Onun için teşkilat muşnun qarab menish lazım. Eğer de plansız muşlar yaşaydigan bo'lsak, bu yerdeki tatlıdığın ziyan pek çoğun buludu. Yani dünyadaki körüngen nerse hemisi hakikat olsa ondakta ilimge ihtiyaç duyulmaydı. Ondakta biz siyasetini ilmi siyasetiyle ilip bir iş lazım bulup mu dünyanın ki siyasi sahnesinde. Eğer de yani Uygur perdesi ilip mandığın olsak Xitay tekimi rahat bizimle ruhumuzni öldüreleydi, kimliğimizni yoktalaydı ve bizimki tatlıdığın ziyanlar bunun ki 100 yıldımı onu davalap sakaytamaydıgan bir kiselge aynı biliş lazım. Yani aynı biliş mümkün hem de. Uygur perdesi dininiz ne mi?
Yani mali siyaset. Bugünkü dava Uygur perdesi mi yani? Yoki Bugünkü davanın hemisi Uygur perdesi emas. Bir kısmı halkara perdesi. Ama bir kısım Uygur perdesi mi var? Yani mali siyaset. yani mahalli siyosati shu davlatdagi yerlik Uyg'urlarninki shu davlat ilib berayotgan yerlik davoni ko'rsatamdi. Yok, ben onu demeyevatım. Misal, bizden memlekette bir kent var. Kentte bir başlık var. Kentin başlığının ki mevzuatkan siyasetine mahalli siyaset devatım. İlmi siyaset bunun okuşmaydı. Yani bir nahiyene başvuruş başka, bir vilayetine başvuruş başka, bir devletine başvuruş başka. Onunki nimeleri, uslupları, anları okuşmaydı. Biz halkarada faaliyet kılgandikin halkaranınki seviyesinde iş kılış lazım. Halkara sahne digen gap, ben bunu digen, bu şu 200'de yıkın 194 devletininki en ilgar adamınki sahneye çıkıp oynaydıgan yer o. Ondan da Uygurlarınki mi aşında bir seviyede buluş lazım o sahneye çıkıp oynaş için. Ondan da bunda bir çoğun, mürekkep, kıyın bir dava için talantılık adamlarga ihtiyacımız var. Yani serhillar. Bu serhillar bulmagan vaqtida har qanday faaliyetler yerim yolda kalıdı. Dünya tarihini özgertken nurgun şu siyasi faaliyetlerge yetekçilik kılganlar hemsi serhillar. Komünist Xitayda bizge proletariya, şu kembergaller çidimay turup, mişna isyan kılıp, mişna inkılapını kılıp galip kıldı deydi. Ama tarihi qaraydigan bolsam, bunun tədqiqatını kıldığan bolsam, hemmisi ottura sınıf. Yani ottura katlam ve serhillar. Bular başlaydı, yetekleydi, halk egişidi, şununla galip kılıdı. Misal, şu nime Fransa'daki inkılap var, 1789'daki. O hem de dünya tarihini özgertken bir inkılap. Ama Xitay ve Sovyetler İttifakı bunu kembergaller kıldı deydi. Şu Fransa'nınki iktisadi naçardı. Kembergalcilikte insanlar yaşayamayı, onun deyinki şu sosyalizmle, komünizmle kabul kıldı deyip mışında burumlap anlatıdı. Aslında ona emas. Şununla bizninki faaliyetlerdime serhil adamlarınki köpeyiş lazım. Her kesipte yetişken adamlar buluş lazım. Hem de kesipler buluş lazım. Mesela siyasette bir ilim var. O ilim bile iş kılganlarını siyasetçi deyimiz yani. Bir yağaç boğan olsa yağaççı boğan dey. Bir tömü olsa tömücü boğan dey. Şununla bir siyaset var. O ilimdir. Onu senet alığa ekilip kıyınçılıklarını asanlaştırış, hal olmayan işini hal kılış siyasetçilerin işi bu. Şununla isil serhil siyasetçiler, serhil ziyalılar, serhil karhancılar ve serhil anlık halkımız buluş lazım. Bunlar hemisi birleşken vaxtıda hiç kanda bir güç bunda hazır men degen tört katlamdaki tallangan halda karşı çıkamaydı. Bu 30 yıllık bir fursatımız oldu. Xitay 80'den 2010'gacha deyli. Bu aralıkta herhalde midirliyaladık. Bizning tilimizni, medeniyetimizni, kültürimizni yo'qotish uringan bo'lsa-mu, biraz ziyolilar qatlami, chet elda o'qiyotganlar va siz hozir deyotgan kishilar boti yoki az sonda boti. Bular cho'qinmish kamplar qurilmagicha, bizni ishkirlarga yetkimigicha, bizning fizikimizni opirib o'nkirlarning ichiga ko'mmigicha, organlarimizni sotmagicha maydonga chiqmasligi kerakmidi? Ya'ni bu yerda bizning ketkizayotgan biz nereden ketkizdik? Vicdansızlığımızdan ketkizdik mi? İmansızlığımızdan mı? Nerede kaybettik yani bir yerde? An dep oylayman. Anlı bulduğun bolsa her kanda şaraitte galip kazanalaydı. An eğer de olmasa her kanda isil şaraitte mi galip kılamaydı. O 20-30 yıldan beri benim kılgan tetbikatımın neticesinde Uygur davasını eğer de şu galip kılımız deydiğen bolsak bir anınki yükselişi şart. Ben bir yerde seviye demedim. Ben anlı davatını. Çünkü bazı adamın seviyesi bulmasıma an var. Bazı adamın seviyesi bulmasıma an yok. Şununla bir yerdeki muyum bir ufkum
aşkışlık bir ufkum, şu an. An boğan bolsa, misalga əvvəlsil digəndə yaxşı şəraitlər vardı. An bolsa, aşı şəraitdən texim yaxşı faydalanalaydı. Əgər şərait şundan naçar bolsa, an bolsa, aşı şəraitini yani özününki mənfəətdəki aylandırıb, şu davanı yani ilip baralaydı. Ama 30 yıl jarayonida ular hamma yerda angliq ekanligini, seviyelik ekanligini, olim ekanligini jar soldi Xitoy televiziyalarida. Mesela her türlü Uygurca programmalar battı. O programması, bu programması. Ularımız çıktı, şairlerimiz çıktı, yazgıcılarımız çıktı, her danlık insanlar çıktı. Chet ellerde mi danlık insanlar seviyelik, anlık deb dava kılıvatkallı çıktı. Halbuki bu siyasi faaliyette veya ki siyasi davada ya ki bu müstakillik davası da biz ularning boyunu ko'rolmadik. Az bir qismlardan boshqa. Bugungi kunga kelganda hamda bir qismlar anglari joyiga keldi. Bugungi kunda angliq ola ba'zi biroz bu sepga qitilib menyapti. Ammo yanalam %70 yani yo'shirinib olganligini bilaman men bu angliq insonlarninki. Endi buni ma'qul o'tkash salavat deydigan so'zimiz bor. Uningga bo'pti deyli. O'tib ketdi 30 yil. Mag'lub bo'ldik. Endi rasmiy jon hal qilmoqqa keldi. Resmen hal qilmoqqa keldi hozir. Bizni yo'qitib o'tib bordi Erkin Akram, doktor Erkin Akram. Bizni haqiqatan Xitoy fizik jihatidan yo'qitish qarab yuzlanyapmiz hozir. Bundan keyinchi bularda ang qanday yetiladi? Bu yolg'on angmiti ulardiki. Chet eldagi mavjud elitlar, ilm ahllari, ziyolilar. İkinci bir muhim ufkum mesuliyet. Qaysi milletke mensup olgan bolsan, aşı milletke bolgan bir mesuliyetin var. Sen ziyalı bol, siyasi adam bol, ya ki karhancı bol, kanda bir Uygur bolsan bol, sen bu Uygur'a bolgan bir mesuliyetin var. Bu mesuliyet eğer de aciz bolsa, yani da anlık bolgan takdirde davanı ilip baramaydı. Üçüncü bir hukum bolsa cesaret. Bu cesaret degen hukumda bir kurban birleşiş degen şu hukumun içinde. Yani cesaret ile çıkan vakti da bazı neslerine kurban birleşme mecbur kalısı. Yani anlık buluş, mesuliyet buluş ve cesur buluş. Bu üçü bir yeke gençakta sılı digendek andak adamla oturup çıkalaydı. Eğer bu üçünün birisi kan bulpasa sılı digen %70 ben hesap kıp bakmadım %70'deki adamlar aşınak olurdu. Yani, elbette. Bu nəhayət to'g'ri aytilgan so'z. Yani demek 4 xil narsa bo'lgan vaqtida bu vatan qutquzish, o'zini iymonini, och singillarni qutquzish yo'liga mangadi degan bir javob chiqadi. Unda biz millatimizdan bu 4 xil ishni izlasak bo'ldi ekanda yoki buni tashabbus qilsak. Ben bir narsalarni davat etmem. Misalga Uygurlarninki bir milliy mefkure isim bizning Uygurchaga keyin chiqqan. Yani bir millet buluş için seninki alayetliğin nimo. Ve bu alayetliğini kandar icra kılırsa, kandar yaştıysa, mevcudiyetinin kandar qoğdaysa, milletinin terakkiyetini kandar kılırsa, digenin çareleri bular. Onun dinkin başka milletlerge mi kubul kıldığan belki ulanı celp kıldığan bazı kıymet karaşlarımız buluş lazım. Bir misal adalet. Yani Uygur halkıda bir adalet duygusu boğan vaxtıda hem özünün milletininki adaletini qoğdaydı, hem de özünün milletinden bolmağan başkalarını mı qoğdaydı. Hatta belki teximi bir yüksek pəlige çıkıp bütün insan, yani insani seviyede bütün insanın adaletini qoğdaydı. Şununla oxşaş bizninki şu garplerde boğandek şunda kıymet karaşlarımızı oturup koyuş lazım. Hem de buna öyle oturup da yazıp da koysa bu çıkmaydı bu. Şu başka bizim milletimizde bir sosyolojik cetten bunu bir tatkik kılmak lazım. Milletimiz neyimi oylaydı, neyimi düşündü, kandak bir münasebet kurudu, üst astı ve sol münasebetle kandak buludu. Yani bir cemiyetin her inçik yerlerine biliş lazım. Bilip boğandaki onundaki nezriyege silip ebekamen digendek hukumunu yardalayın. Bu hukumunu mağrip yolu bile bütün halkımızga ügütüş lazım.
Eğer de üyengen takdirde ebe biz degandek şartlar ondan keyin şekillenadi. Bu şartlar toşkan vaqtida her qanday bir narsa aldığını tosamaydı. Tarixte misalga bazı devlet kurulman deydigan bolsa, hiç kim tosayamaydı. Bazı devletler yıkılıp düşmen dese, hiç kim onu yöleyemaydı. Osmanlı devleti yıkılışga başladı. Şundacık noca adamlar çıktı. Siyasi cihetten, iktisat cihetten, edebiyat cihetten, tarih cihetten sanıqlı olmaydı. Ama bu Osmanlılarının ki hiçbiri Osmanlı devletini kurtuzamadı. Atatürk bu cumhuriyetten kurgan çağda bütün Cihangir devlet Türkiye'ye karşı çıktı. Bu Fransiyalıkla, İtalyanlıkla, İngilizcelikla muşu Anadolu'nun ki etrafına hemsini koruşup aldı. Rusya mı şunda? Şunda bir peyde, yani en kıyınçılık bir peydime bir cumhuriyetin kuralıdır, bir hakimiyetin kuralıdır. Birleşken Devletler Teşkilatı'na bayrağını tikelidir. Kalan Türkiye halkla bunu kılamadı. Yani eğer de şaraitle toşkan olsa, yani bu şarait hem halkara vaziyet hem de bu milletinin ki sapası eğer de bir ebemen degandek şaraitlerle toşkan da bir hareket başlayan vaxtıda her kanda bir güç, yani evvel Allah, her kanda şu fani dünyadaki güç bunu tosayamaydı. Eğer de biz bozak boğan olsak, bizdenki bazı kamçılıklar var degenge. Bizden ecdadımız mı çoğun devletlerini kurpakan, bizden ecdadlarımız mı dünya medeniyetine töbe koşkan, ni milletler dünya medeniyetine töbe koşamagan. Şununla bizdenki ecdadımızınki ruhlarını unutmak lazım. Ve 134 yıldan beri bu vatan, bu millet için şehit boğan sık kanını tökep. Yaralanıp gazi boğan ve bunun için kalemini tevikken nini adamlarımız vardı. Bunlarınki ruhuma ziyan keltirmesi lazım. Biz müşahede mi bir kuvvet iliş lazım, an seviyemizni östüş lazım ve şundakla ebekli degen şartlarını toşkuzup Xitayga takabul tutuş. Ve ahırda bizdenki oturup koygan nişanga eriş lazım. Yani Xitayninki hoş, Xitay nayet ciddi bir pek ciddi bir hareket kılıvatıdı. Bunun da asaslık mesele bu tömür yol mu yoki nimish qilmoqchi degan masalani men hozir so'rayman. Bir qarindishimiz telefon qilibdi naq maydonga, uning so'zini The Bluetooth device is ready to pair. So'zni anglab yetgandan keyin andin sizga so'rayman savolni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Husayn ustoz. Assalomu alaykum. Erkin Akram aka. Aleykümselam. Rahmet, ovozingiz yaxshi chiqyapti-da. Fikr, so'zingiz, savolingiz bo'lsa o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Men Erkin Akram akadan hozirgi Xitoyning iqtisodiy ahvoli to'g'risida bir savolim bo'ldi. Erkin akamda men kasbiy iqtisodshunos emas, ammo iqtisoddan bilganimga qarata so'rayman. İqtisoddagi o'ttirchi kirim to'ziqi deydigan bir hukm bor. Shu milliy daromadning kishi beshiga tushgan o'ttirchi miqdori 10 ming dollarga yetgan vaqtida davlatlarning sistemasi o'zgardi deydigan bir hukm bor. Hamda mening shu hukmdan tushunishimcha Turkiyaning iqtisodi bu to'zoqqa tushdi hamda. 9800 dollarga yaqinlashib keyin chekinib ketdi. Bunaga tushgan davlatlarmi xeli jiqgan. Endi Xitoyning hozir 8800 dollar atrofida hamda bu hukmga asoslanganda 10 ming dollarga yaqinlashganda davlatning sistemasi o'zgarishi kerak. Demokratik uchuq sistemaga o'tish kerak. Ondan keyin shu davlatniki shaxsiylashtirish qilminish hamda sirtqi qarta ichilish kerak deydi. Shuning uchun nurg'un iqtisodshunoslar Xitoyning iqtisodining 20 ming dollarga chiqishi mumkin emas deb qaraydigan tadqiqotchilar chiqqan.
iqtisodshunaslar. Chunki sistem o'zgarmagandikin. Shuning uchun endi sizningcha Xitoymi, albatta Xitoyning iqtisodshunoslarmi bu to'g'risida maslahat berdi, strategiya tuzishga qo'shiladi. Xitoy endi shu o'rtacha kirim tuzuqiga Xitoy qanday qaraydi? Ya'ni sistemini o'zgartirishga majbur bo'lamdi yoki jahillik qilib ma'amdi? Sizning endi qarashingizda qanday ehtimollik bo'lishi mumkin? Rahmet. Sözünüz tugudimi? Tugdi. Rahmet sizge, Allah razı olsun. O kardeşimiz hele ondan izlengendek turdu. Özü ben iqtisodchi emas deydi ama sözlegen gepler emmisi muşu cetten biri izlengendek turdu. Doğru deydi. Çünkü nurgun devletler muşu 10 bin dolar kişi bişiğe 10 bin dolar kırım boğan çağda yıkıldıgan tuzakı düşürdüğen bir ahval var. Bazı devletler bunundan öteleydi, köpüncüsü bunundan ötemeydi. Ötken devletler, evvelki markerin dışımız degende bir islahatını ilip bir işe doğru geldi. Yani meyede men davatkan islahat hem de evvelki ifade kıldım bu innovation yani inovasyon. Yani yepyeni bir nesne icat kılış lazım ki onun bile birlikte islahatını ilip bir iş. Yalnızla mevcut siyasi tüzüm, mevcut bu tüzümdeki organlarını özgertip yani eski tamga boyağını boyap koysa Xitay bunundan kutlamaydı. Xitay 35 yıldan beri tırışıp gelip 40 yıl kaldı. Tırışıp gelip bir seviyeye geldi. Bu seviyeden yanı bir seviyeye atlaş için çokum bir özgürlükte mecbur emdi. Bu siyasi cetten, iktisat cetten, marif cetten, şu kalan cemiyet karakterlik bazı meseleler cetten özgürlük lazım. Hatta Xitay'nınki şu kalan Xitay'dan başka milletlerge karatkan şu siyasetlerini özgertiş lazım. Fakat bu Xi Jinping bütün hukukunu kolu tutuvagandan keyin hazır biz degen islahatga karap malmay şu tutuvagan hukuk bilen Mao'nunki vaqtida yoki Ming sulalasi vaqtidagi qattiqqo'llik siyosetini ilib beryotidi. Buningki ma'nosi nima degan chog'da bir xil ko'z qarash Xitoy kelgusidan ansirayotidi deydi. Kelgusidan ansirash bo'lg'achqa hozir shunday qattiqqo'llik siyosetini ishlatyotidi deydi. Endi nima uchun ansiraydi degan vaqtida Əbəqə qarindişimizin degəndək, o'rta sinfninki küçü bir yerga keldi və o'rta sinf ətügün mərkəz hökumətninki şu mutlaq hakimiyyətə meydan oxuş degan bir məsələ çıxdı bu yerdən. Yəni mərkəz hökumətninki gibirgə kirməydigan və siyasətini icra qılmaydigan və misalға addi bir nərsini desək, hər ölkəyə mərkəz hökumətinə berdigan bajninki yüzde kaçısı degan bajlar var. Onu vermeydigan veya töven berdigan muşuna bir ahvallar paydo bo'lishi mumkin. Shuningga mushu gap anglamaydigan ihtimal meydan o'qiydigan mushundaq amaldorlarni asta bir taraf qilyotdi. Ve bularni turmaga solayotdi. Undan keyin bu 30-40 yaş etrafidagi kadrlarni devlet memurlarga yani şu siyasi ügünüşlerini başlatıvadıdı. Yani Xi Jinping'inki diyen gap sözlerini ügütüvadıdı. Bu medeni enklavi ve onun dinkinki vaxtlardaki bir ahval. Hazırki Xitaylarının közü içilik etti. O Xi Jinping'in diyen gapları hemmisi Mao'nunki eseridek, Mao'nunki gibidek onda cık anlap gitemeydi hazır. Şununla Xitay'da mı, merkez hükümeti mi yağan körünüşkü tırışıdandı. Bu bir taraf. Yani bir taraf Xitay mı körüvadıdı. Şu iktisatta bir çatak olduğanlığını. Ki hazır çatak bu hem de. Şu çatakını qanday hal qilamiz deb Xitoyninki iqtisodiy mutaxassislarmi bununla çare tepishga tirishyotidi. Agar de bir muvafiq bir çare topsa, şu krizdan o'tib ketish mumkin. Ama Xitoy kutayotgan yani en az da 5-6 tuzak var dedi. Yalnızlar şu o'rta sinf tuzak emas. Başka tuzaklar mı kütüp turgan? Şununla Xitoyninki şu yükselgen siri
bununki bir şey kildiğin o meselelerine köp çıkırdı. Eğer de merkez hükümeti şu meselelerine, mesela iktisadi, ticari meselesinden töpeyli ki hazır mesele bu. Bu cemiyet karakterlik bazı meselelerini yartıdı. Mesela nimeler, namaşlar, mesela hükümete karşı bazı hareketler, safçılar, askerler yani ermiler, bulamı çıkıp namaş kılışı. Mesela Xitayda hazır yılda 10 binden köpmüşler cideller var ki. Bu biri haytı biri bu cemiyet karakterlik şu kalamkancılıkla biri siyasetke çekinigan vaxtıda dokun kalgan vaxtıda siyasette bir çatak çıkıyor. Siyasette bir çatak çıkanda bunundaki Komünist Parti'nin ki Xitay'ını başkuruş hukuku umanlık halığı kildi. Bu yerde ben Yani senin Komünist sözlerine Parti- aralışayım. Bu yerde bir sözünü kıstılsam deyim. Ya biz 20 yılını ya bu şekilde davatımız yani Xitayda bugünkü qancha qitim siyasi o'zgarish bo'lganda sizchi buningga bir javob olay avval. Qaysi siyasi Yani Xitayning ichida Komünist Partiyasining ichida ayni vaqtda Jiang Zemin deymiz, Hu Jintao deymiz va yoki Xi Jinpingga o'xshash mana shundoq reis bo'lganlarni o'rish uchun harakatlar qilindimi va qancha qitim qilindi? Buni kim to'sab qoldi? Ya'ni qandaq nimaga yetolmay qoldi? Bunun Mao vaxtida da batı bundaq ahvallar. Misalga Lin Biao'nu belki isimladi bak. Lin Biao'nu şu işçiden Mao'nu jıqtışqı tırışqan. Misalga devlet reisi Liu Shaoqi teki bizim qınmay turup Mao qo'qib ketib uni yo'qitgan. Mao'la birlikte o'xshash shu nimada cephede urush jang qilib qilgan shu generallar, cho'ng generallar, marshallar köpe ölüp gitti Mao ölgen vaxtıda. Ular mı kalmadı? Şu Mao aşı işçiden bir çatak çıkıdığanlığını ve özününki hukukunu başkaları tahtı oldu da aşılarını yokutuşka tırışkan. Buna medeniye enklavi namı bile bunu kıldı. Hem de Deng Xiaoping'in vaxtıda bundak adamlarımı battı. Misalga Deng Xiaoping'inki 92-93'lerde şu cenitlerini, Xitay'ın cenit taraflarını ayınıp yürüp eşeğde ıslahatına eğilip bağımısa parti mi yok oludu, devlet, hakimiyet mi yok oludu, devlet mi yok oludu der. Aşını tolu sözler, tolu cakalan şu Mao taraftar boğan sol komünistlerge karşı uruş kılan bu. Ta bu uruş 97 gece aran toktadı bu. Angaca bu toktanğandan keyin Jiang Zemin'inki devri geldi. Çünkü 97'de Deng Xiaoping öldü. Bunun kelgen çağdımı onda cık nimeler yoktu yani karşı. Çünkü o vaxtıda Xitay terakkiyat kılıvadıdı ve bu terakkiyatınki meyvesini Muşu Komünist Partisi'ninki başkuruşuyla buluvadıdı dep tonuştuğan. Şununla halk mı ve kağanla mı bunda bir iktisadi menfaat teydiğen işini nime dep çıkınımız dedi. Yanıla Muşu nime Jiang Zemin'inki vaxtıda Komünist Parti'yi İHAN ve işçilerden teşkil tapkan ilgar bir siyasi hareketinin temsilcisi deydi. Ama Jiang Zemin'in vaxtıda kapitalistlerine parti aldı. Ve şundaklar Xitay'ınki ilgar adamlarının hemsini partinin etrafı tırcıldı. Ve şununla birlikte nurgun kapitalistlerine muşu Xitay'ınki siyasi tüzümden istifade kılıp faydalanıp bayop gitti. Bunda bir peyte karşı çıkan adamlar bulmaydı. Buncabo'nunki ve Mao Hu Jintao'nunki vaxtı mı muşunun okşaydıgan bir vaxt. Yani Mao neticeni, meyveni paylaşıdığan vaxtı. Fakat Mao Xi Jinping kelgen çağda okşamaydıgan ahval çıktı. Çünkü Xi Jinping mi muşu toluksuz oturmakta pütegen birisi. Kagan diplomama yağan boğanlığını nurgun adamla deydi. Üzümü diyemeydi kagan unvanını. Bununki seviye ve savadı töven. Ama partinin işçideki aşında çoğunla aksakallarınınki düşüncesinde, niyetinde bu yap anlaydı o digen gibimizini icra kılıdı o
partimizni qo'g'dab qoladi deb tushungachgan. Shuningga bu ishlarda intilib chiqqan manda o'zini manda deganda ig'ir besib bo'lmagan mandaqlarni tanlamagan. Ama bu işlerde bu Xi Jinping'dek şundak bir savadsız eğer de kılalıgan bolsa, işini kılalıgan bolsa bizdek üniversite pütergende neymiş kılamaydı. Digendek bir düşünceleri oluşu tahmin kılış biraz tesemez. Ve ikisinin arasında bir rekabet oldu. Bu rekabette Xi Jinping tutvagan oldu. Muşnunla birlikte hem siyasi katlamda hem de ermi katlamda, iktisadi katlamda ve ziyali katlamda hemsinde bir tazlaş oldu Xi Jinping. Bunu hem de yolsuzluk namıyla tazladı. Bu tazlangan adamlar türmege kırdı bir kısmı işten kovlandı ve bir kısmı Yuşur'un hakimiyette turvadıdı. Kelgüsünde ondan bir fırsat olsa Xi Jinping'e meydan okuyalaydı. Xi Jinping bunun altına iliş için şu katı siyasetine ilip yürüyordu. Bulmasa, akıllı bir Xi Jinping boğan bolsa, hazır sılahatına ilip yaparattı. Çünkü bütün hukuk kolu da hazır. Ama bunu kılamadı. Ve başka bir yolu gitpardı. Bu yol ahir biri azgalga yıkılıp düşürgen bir ahval var. Fakat Xitayning ichidimi akıllı adamlar var. Azgalga düşmey durup eğer kutkuzuvat için. İktisadi, şu çatak buluvatkan iktisadını eğer de biz bilmeyen bir xil çare bile kutkuzuvagan bolsa için. Veya ki Komünist Partisi, hazırki Xitay Komünist Partisi Sosyal Demokrat Partisi'ge aylansı için. Aylangandan keyin yana bir 20-30 yıl yana devam kısıcı. Degende xil varyantlarma var. Şununla biz taraqqiyatni her gün takip tutup, onundan keyin yolumuzni sizish lazım endi. Yani vaqtcha biz tugab ketsakchu, yani bu Biz hiç tügmeymiz. Bir medeniyeti boğan, kültürü boğan, dini itikatı boğan, yani tarihi bir ötmüşü boğan ve özününki tili boğan, bunda bir millet aslan yo'qolib ketmaydi. inşallah. O'tgan qadimliq bir nimalarda yani Gollandiyada bo'lgan bir konferans suhbatda Xitoyning parchalanib ketishini dunyo xohlamaydi. Biri iqtisodiy manba yoki ishlab chiqarish kuchi shu yerda bo'lganligi uchun, ikkinchisi bular parchalanib ketsa ko'chmanlar to'lqini, masalan nurg'un narsalar kelib chiqadi, ocharchilik bu hokazo urush degandek. Buni men shuni shu vaqtida bir narsaga bog'lab qoldim. Hatto Amerikaning xohlamaydiganligi Xitoyning parchalanib ketishini. Hozirmi xohlamamdi Amerika Xitoyning parchalanib. Hazırmı xalamaydı. Çünkü Xitoy bilan eğer urushib qolsa, bu ikki cho'ng devlet urushib qolsa, Xitoy cho'g'iladi, Amerika yerim-jam bo'lib qoladi. Buni mutaxassislar, Amerikaning mutaxassislari ko'rsatyapti. Ammo lekin Xitoyning ichidan agarda shunda buzilib cho'g'ilib ketsa, o zaman bazarninki bir ma'nosi qolmaydi. Dunyoning nüfusining 1/5dan tashkil topgan bu bazarmi bir ma'nosi qolmaydi. Bir cho'g'ildi, hech kim to'syamaydi. O zaman Amerika to'sab qilish ehtimoli bormi? Bu savolim biroz nima g'alati anglandi nurg'un qarindoshlar. Amaliyotda men Amerikaninki bugungacha Uyg'ur masalasida jiddiy bir aralashganligini bilmayman. 18 yillik chet el tariximda Amerika tunji qitim iqtisodiy bo'hronga, iqtisodiy urushga kirib qolganlik uchun Uyg'ur siyosatiga aralashyaptimdiki deb o'ylayman. Amerika to'sab qolsa shu Xitoyninki parchalanishni. Manchur imperiyasi yıkılgan vaqtida Amerika qarab turgan. Ya tutqizmagan, ya yıkmagan. İngiliz mi shunday qilgan? Ve Manchur imperiyasi başka devletlerden destek ve qo'llashni istegan, ama bu Cihangir devletler qarab turgan. Shuni demoqchiman. Xitoyning ichidan agarda shunday bo'linishlar, cho'g'ilishlar paydo bo'lib qolgan vaqtida bu Cihangir devletler ishni qılamaydı deb o'ylayman. Barbir yani. Ama
hazır bunda şarait bolmagaçqa men ebey eliki gapni davatımen. Yani bu bazarını çuğuş kalmaydı çünkü pul tipatıdı diye. Ondan keyin xatarlik çuğulup gelse xatarliklarni yartıdı. Yani xavfsizlik xatarlikten onundan başka nurgun narsalarni yartalaydı yani. Menfi çekti. Ama Amerika Uygurlar bilan hiç alakası bo'lmadi yoki hiç mundaq qo'llamadı deganga menimki boshqacha ko'z qarashim bor. Albatta. 1949'da 4. ayda Amerika Şark Türkistan'da bir devlet kurumuzda planlagan. Planlagan vaqtida ham çotlargacha planlagan. Bu devlette yani kurulgan devletinin yol yasaşqa qanchalik pul ketidi, maktab silishga qanchalik pul ketidi ve devletine başvuruş ve qolgan diplomasi munosabat o bo'la qanchalik pul ketidi degan aşıq ham çotlargacha yezilgan. Ve 6. ayda Stalin bu haberini bilip kalıdı ve Mao'ga telgraf yollap bunda bir hukukluk, toluk hukukluk bir adamla evitinle moyum nesi var söz işi dedi. O vakti de Liu Shaoqi vardı. Liu Shaoqi bağın çağda biz yeni bir Xitay devletini kursak şu Stalin bizge şu iktisat cetten başka şu diplomasi münasebet cetten bizge yardım kılıdı dep oylap bağın. Basa bu Amerika İngiliz Şark Türkistan'da devlet kurmakçı. Sizler derhal Şark Türkistan'da işgal kılınlar. Eğer de işgal kılamısanlar, sizler ziyan tartısılar, ben ziyan tartımında. Şu vakti de bunu tosaklık kıldı. Ve Xitay'ını bir yıl evvel Şark Türkistan'ın işgalığa yardım kıldı Stalin. Bu bir vaka. 1987'de Amerika'nın bir idaresi Şark Türkistan'da bir hareket bulup, bir hakimiyet kurulsa, Beijing hakimiyeti qandaq bir menfi ahvalga uçraydı deb bir dokladını tayyor qilgan. Bu dokladning neticesi Şark Türkistan'da bunda bir işlarning bo'lishi pek qiyin. 87'de Şark Türkistan biraz rahat vaqtidi. Uygurlar bu işini kılamaydı. Şununla merkez hükümetini yıktamaydı. Bu ötep ketkenki 1991'de Amerika'nın yani bir idaresi yani 12 mütehassisini yığıp bunun içinde profesör var, mütehassис var, diplomat var. Yığıp yani bir şunlar bir toplatma yani rapor yazışta tırıştı ve bir yadıma okşaş netice çıktı. Ve onun da kim çıkmasını bilemedi. 2001 10. ayınki 12'si de Amerika'nın Aksaray'ın sözcüsü Richard Archer bir muhbirine kütülüşlüğünde de şunu dedi. 10. ayının 19. günü Prezident George Bush Şanghay'a vardı. APEC diyen bir yığın var. Asya Pasifik Hemkarlık Teşkilatı. APEC'nin yığınına katıldı ve Can Zamin bile muhbirine kütülüş yığını buldu. Bir yerde yalnızlar. İki devletin münasebeti ve terörge karşı küreş kılışından başka Uygur meselesine tılga alındı ve müzakere kılındı deb ilan kıldı. O haberini okuyan hamatlar menimki tomollarım, tutumlu kolumdaki bütün tomollarım, beşimdeki tomollarım itilip gitti. 1949'dan bizimki İsa Yusuf Abdülkim bolsun, Mao Memkimin Buğra dek efendiler bolsun, çetlerde muşundak bir davanı halkıravileştirişe tırışıp gelgen. Bularının ömrü yetmedi ama 2001'den kim bu peyda oldu. Digini de George Bush 19. yılda Şanghay'da muşu gepne dedi. Yani terörizmge karşı da Uygurların haklarını çiğneyemeyse yani desenmeyse dedi. Onun denkin Amerika'da o Uygur meselesi bile şokundan oldu. Onun denkin Amerika'nın ki nurgun organlara Uygurcu bildiğin adamlarını aldı ve Uygurlarını mı aldı bilimiz. Yani Amerika Uygur meselesinden burundan tartıpla bununki nimisi var. Tecrübeleri var. Vaziyet, şarait ve maksat bula bir yere kelgen çağda onun denkin Uygur meselesi karar. Yani Uygur meselesi yalnızla bu ticari uruştan töpeyle oturup çıkan mesele. Uygur meselesi bu muslima Xitay bile Xitay'nın ki nime ticari uruş mu buludu?
ticari uruş bo'lmagan taqdirda Uyg'ur meselesini Amerika kun tartibga hech bo'lmasa o'shirin organlarda buni muzokara qilib, plan qilib yozgan. Xo'sh. 1943'ten 72'gacha CIA'nınki Şark Türkistan hakkında yazılgan dokladlar hemisi aşkar bo'ldi hozir. Aşlarını okup baksanlar Amerika burundan tartibla bu Uygurlar bilan bu rayon bilan şoğlanıp yani. Xo'sh. Undaqda bugungi vaziyatga keldik. Ya'ni bizning hozir yana 20 minut vaqtimiz qolibdi. Bugungi vaziyat keldi Uyg'urlar tilini, kulturini, Qur'onini, dinini asosan Xitoylar yo'q qildi. Bu vaqtcha Amerika qarab turdi. Birinchisi Amerika Uyg'ur xalqining manfaati uchun bu yuqoridagi planlarni qildimi degan savolga nihoyat qisqa javob olaman, chunki uning keyindan eng muhim bir savol bor. Yani bunun için qildimi Amerika? Yani Uyg'ur xalqi uchun qildimi? Amerika her zaman özününki ali menfaatini birinci nöbetke koydu. Herkes bir Tibet, Uygur ya da Türk ya da başkası emas. Xo'sh. Bu bir. İkincisi Amerika'nınki ali menfaat 3 neslini teşkil tapıdı. Birisi şu Amerika ve onunki şeriklerininki xavfsizligini qo'g'dab qilish. İkincisi Amerika halklarınınki bayaşat yaşalış lazım. Yani refah seviyeni qo'g'dab qilish. Üçüncüsü bolsa demokrasi ve insan haklarını giyiş. Yani manda jig'ib kelgan chaqda Amerika eğer de Tibet, Uygur bilan shug'ullangan bolsa, bununki ma'vu qimmat qarashlari bilan munosabatli. Hozir men degan demokrasi ve insan hakları. Çünkü Amerika devleti kurulgandan beri mushu narsalarga ahamiyat beryapti. Bunun ahamiyat berişi yani başkaları mı bunu kabul kısa, onundaki Amerika yanıla çoğun devletler arasında en çoğun devlet olup devam kılıdı da bir düşüncesi var. Halkara münasebetler nezariyesinde bir nezariye yani Amerikalıklarınki çıkaran nezariye demokratiyelik tinçlik nezariyesi. Bu nezariye Amerika'nınki siyasi nimede merkezde mühim bir ornu var. Elbette Amerika bugün bu kadar yeşil çırak yakışı Uygurlarga bununki keyindeki menfaatini ko'rib olsak, buningdan keyin to'g'ri, ya'ni buning keyindeki g'arizini bilsak to'g'ri qadam tashlay olamiz deyman. Chunki darhol Xitoy bilan ticari şekilde anglashib qolib qolsa, yana tashlanib qolishimiz mumkinmi deb qo'rqayman. Bu bir. Ikkinchisi biz tugab ketsak-chi. Yoki ma'qul fizik jihatdan tugab ketmayli deyli. Bo'ladi, men qaytilaman. Bizning kültürümüz, bizning adamlarimizning yerimi ichkirib ketsa, yerimi qumliqning ichiga kirib ketsa, yerimi Himalaya tog'laridagi ünküllarga dafn qilib o'tilsa, misol Xitoy tarafidan, u vaqtcha Amerika qarab turib, uningdan keyin qonun ma'qullab qolsa va yoki bizga yordam qilib qolsa. Amerika başına qilmamdi bilmayman ama Uyg'urlarninki yo'qolib ketishiga men belki ishonmayman. Uyg'ur tarixiga qarab bakadigan bo'lsak, ni qitim başında krizga kirib, oxiri üzüp çıkan ahvalını ko'rdik. Bugün burunqilardami texmi sharoitlar texmi yaxshi. Şu dünyanınki hozirgi teknologiyaga bog'langan bütün şu taraqqiyotlar bilan Mişet Uygurlarınki kam bo'lgan narsa abay men mafkura dedim, milli ko'z qarash dedim, onundaki ang dedim, cesaret dedim. Bularning hammasının buluşu onundaki Uygur milleti yok olmaydı. Ben Uygur milletinin yok olup yetişkiye pek nimem yok. Benimki bunda bir oyumu yok yani. Yok almaydı davet hemen. Çünkü bir kanca misalını birey. Şu Turpan Uygur devleti ya ki şu İtkut Uygur devleti de bir Singu Sali diyen bir adam var. Bu adam hem Xitaycı biliyordu, Sanskritçe, Toharcı mı biliyordu. Bu tıllardan Uygurcaga eser tercüme kılan, yüzümü yazgan eserler. Muşu adamınki yazgan eserleri bilen birlikte bizninki Uygur tılımızınki 10. esirden en az da 13 veya kingi sürsek mi 15 de koyalım abi olup mu Türkmen tarafta. Tılımızını qo'g'dab qoldi. Misalga Alışım Navoiy degan bir adam var.
Hı hı. 15-16 asırlarda bütün şu O'rta Asya'dakiler hemmisi Persçe bile yani konu İran tili bile eser yazardı. Yalnızla bu adam şu Türk tili yani üzneki ifadesiyle dağıtma Türk tili bile yazardı. Ve o yazıp bu başka 15. asırdan 19. asırın ahırlarıca yanı şu tilimizin boğdap kaldı. Şunu ben demekçi, tarihte bizningki milletni dümbisiga ilib aldığı qadam basgan adamlar, bular o'zini fedakar qilgan adamlar, bular isil ve talantliq ve sarxil adamlar bo'lg'achqa bu milletni to'shalaydi. Yani o'zining qilgan to'pisi bilan bir milletni to'shalaydi ve qutqizalaydi deb o'ylayman men. Elbette men uningga qaytilaman %100 ama bugunga keldik yani açık bir reallik bir yerde. Hazır o'tgan hafta yo'tkalgan odamlarning soni rasmiy bo'lmagan raqamda 200-300 ming. Qashqarning o'zidalam 3-4 ming odam. Masalan, yo'tkalganlik xabarini Erkin Osiyo radiosi e'lon qildi. Bizning bugungi xabarimizdan chiqyotidi. Reallik bizga Uyg'ur xalqimizni ichkariga yo'tkityotidi Xitoy. Bu ichkariga yo'tkimaymi assimilyatsiya qilsa bo'laveradi. Ichkariga yo'tkimaymi yo'qotsa bo'laveradi. Aş vatanning o'zida shaharlarimizni chumkab, chegirlarni so'qab, tomlarni so'qab qism qila oladi Xitoy. Ammo bizni ajoyib dahshatli bir tarqoqlashtirish, yo'qotib o'tish harakatini boshlatadi bu yerda. Bir reallikni inshaalloh Allohning bir nimasi bor, muhlati bor. Ammo men bu yerda cho'ng davlatlarningki nimasiga tushib, biz qiltiqiga tushib, yana shu o'yiniga kelib tijorat qamlashib ketib qolib qolsa yoki ishlar yurishib ketib qolib qolsa dunyoning ishlari yoki temir yo'l qamlashib ketib qolib qolsa yana Uyg'ur xalqi tarixiy bir yo'qolishga ya'ni ma'qul fizikimiz yo'qolmasin shu milliy madaniyatimiz kulturimiz yo'qolishga nima bo'lib ketami deb shu haqiqatan burun ensirmasam hozir ensiraydigan bo'lib qoldim chunki abay men bir narsani deyman dedim Himalaya tağlarına önkürlerinin kızılğanlığını xili işençilik bir nima aldık hazır. Aş tağının içige önkürler kızılıp buna resmi insan turduğan. Aş şu nima tarafideki bizimki Şarkı Türkistan tarafideki tağlağı tutuşduğan taraflar insan turduğan mağarlar. Yani önkürlerinin kızılğanlık doğrusunda bu xabarni men ilip hakikaten yani gelip bu tarqaqlaştırıvatgan adamlarning qayerga ketilayotganligi bir masala chu. Şunu ben qo'rqayotiman. Şunu davlatlarning sizlarningki nihoyatda texmo bediqqatda hamma narsa shubhi bilan qarashimizni umid qilaman. Amerika siyosatiga shubhi bilan qarashimizni umid qilaman shaxsan. Yani agar bildi deyli Amerika buni va ko'rayotdi o'zining sun'iy amrolar bilan aniq bo'lgan bir tadbir qo'llanmasa shaxsan biz çatak çıkımız bizden. Onun için ensirep ben bu sözlerini kılavatım. Sizler hem Amerika'ga çoğun devletlerge bikin kalsak çatak oludu deysler hem de bunda çoğun devletler arlaşması olmaydı devatsızlar. Aslında bu iş hemisi bizgi bağlı. Yani bunun sarhıl diyen adamlar başkaça adam diyen gel. Yani bu adamda biliş lazım o oyunlarının kandak. Yani halkara münasebette böğrü ile tans oynaş deydiğim bir gap var. Yani böğrü ile tans oynayan vaxtıda yaxşı oynaşını biliş lazım. Yani böğrücilik ve böğrüdeme akıllık oluş lazım. Benim sarkıl diyen adamlar diyenim bu hem de. Olmasa aldım pizza yani. O çok çünkü çoğun devletler özünün menfaatini başta oylaşırdı. Hazır bu şu garip devletler Uygur meselesine şu insan hakları cidden demokrasi Xitayda demokrasi olmaqaşqa demokrasi cidden qaravatıdı. Ertügün eğer de Uygur meselesi strateji seviyeden qaraydiganlı bolsa, sizler degan oylagan o nimeler, hareketler başlaş mümkün. Yani Xitayni bitirib qilish. Bununla biz tayyor buluş lazım. Vaziyetler özgürüyotidir. Ben dedim Xitayning ichidimi jiq vaziyetler özgürüş mümkün. Xalqaradami Xitayga qarta jiq özgürüşler buluş mümkün. Xitayga bo'lgan bisimda ko'payish mümkün. Ama bu yerde biz qanday qilamiz? Biz tayyor buluş lazım. Her cihetten, her sahada, her seviyede. Şununla bazı talepni özümüzge koysak
yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. 1919'da mı internasyonel teşkilatı kurulgan vaxtıda mı Şarkı Türkistan'da devlet kuraylı deb planlagan. Ve Sovyet o vaxtıda da Sovyetler İttifak kurulmagan. Bolşevik hükümeti mi Tashqi ishlar ministerliğindeki adamlar mı adam evetken Şarkı Türkistan'da. Ama Şarkı Türkistan'da bir devlet kuruşka tayyor emasga bu insonlar tayyor emasga degan xulosasi chiqdi. Shunga qurilamadı. Bo'lmasa 1919'larda devlet kurulup oladı. Yani hazırgacha mı tayyor emasligini G'arbningki tadqiqotchilar aşını qo'yyapti hozir. Shunga biz tayyorli bo'lgan bo'lsak, har qanday bir vaziyatga qarshi chora topolsak, o ishni hal qilib ketaolmaymiz. Albatta. Yani bu dünyada nurgun güçler var. Ama güçnünki en nolcisi bu min gücü. Yani akıl gücü. Biz akıl gücü bile Xitayning kuralı bile uralayız. Biz akılımız bolsa başka devletini Xitayga saldıralayız. Bizden akılımız bolsa özümüz mü bir yolunu tepip Xitayni mı bir taraf kılıp olurdu. Şununla bu dünyanın Allah'ın vergen en kıymetli bir nimet şu akıldır. Şununla ben hayvan bile farklı kılıp verdim deydi. Şununla tefekkür kılınla deydi. Ve doğru yolunu tekimla deydi. Allah razı olsun. Bizninki vaqtimiz biraz az qaldı. Men eng oxirgi savollarımni so'rashga boshlayman. Har qitim sizlar bilan suhbat elib borganda iloji va konkret real bir chiqish yo'li tepishga va shu chiqish yo'lininki javobini olishga tirishib kelyapman. Bugun ham tirishim. Ya'ni bu odamlar, ya'ni hozir biz buningga tayyor bo'lish uchun bir qadamlar taşlanıvatamdı. Meyli Dünya Uygur Kurultayı namıdın dislim meyli özlerininki doktorluk namıdın dislimi. Bu bir. İkincisi ya bizge bugün bir konkret bir çıkış yolunu, yani bugün imza toplanıvatıdı, namayış kılınıvatıdı, yığınlar içilevatıdı, teşkilatlar kuruluvatıdı, naq meydanda bolavatkan emeli işler. Ondan keyin bazen bir mahfi hareketler bulunuvatıdı. Bu bizge yeterlik mi? Burun yeterlikti ama hazır yeterlik emas. Yani halkımız 200-300 mingdan hepsiga yoki kunda 200 mingdan bundaq bir şeylik yetkilib izlerki bulmavatkan xatarlik bir paytda bu bizge yeterlik mi? Ve bugün bir yerde konkret bir çıkış yolu karakterde bir narsa tepasli bizge. Yeterlik emas. Bizden nurgun siyasetçiga o'xshamaydi. Hayajon bilan boshlab ketgan o'zininki mingsizchilikla bir aql va tajribasi bilan harakat qilayotgan siyosatchilar bor. Ama yaxshi siyosatchilar bor, soni pek az. Bizning ziyolilarning bir qismi hamisi fotokopichi. Fotokopi ziyolilar. Yani başkasınınki ilmini ilipla xuddi yo'g'on bir narsadek ko'z tutishga ve ton tutishga ve vatanni qutqizish yo'lini izlayapti. Yani Bizdenki bir kısım dindarlar ama İslamsız Müslümanlar bile. Yani mandat demekçi bizdenki hazırki çeteldeki Uygurlarınki sapasınınki tövenliginden töpeyli. Xalqarada şu meydana kelgan şunda yaxshi vaziyatni faydalanamay fursatni qochirib qo'yganligidan men ansirayotim. Dal ma'lum shu. Mening so'raydigan narsa. Hem de Dünya Uygur Kurultayı planlagandek hareket kılıvadı. Nurgun bop bakmagan vaziyetlerini yartıvadı hazır. Ve bu yeterli mi? Emez. Bunun mu ben digen? Niye için yeterlik emez? Edememiz yok. Ebe ben digen, siyasyon digendin ki şu seviyede buluş lazım. Bütçeden pulumuz yok. Çünkü faaliyetini kengaytken vakti da pulga ihtiyaç duyuyor. Şununla bu işler asla minvadıdır. Kadem asla mangaşka kelgüsünde nimi kanda bu fırsatını kaçır koyamız mı ki de ensreşler var. Ama bu ensreşler öyle otarsak olmaydı. Yani kolumuzdan kelgenle kılış lazım. Mesela ben
Şu Uygur Tədqiqat Enstitüsündə her yılı 5'ten 10 balını alayda bir yetiştirək. En ilgar müşündaq mütəxəssislərini tepi bulağa ders verip, yani 10 yılda, 20 yılda okuyduğunu bir hafta 10 günün içinde besip durup onu edem kılış ve kelgüsünde dava qetilmısın. Aşı seviyede boğan bir adam çokum bizim Uygur halkımızga, Şarkı Türkistan milletiga töpü koşalaydı dep oylayman. Misal, her teşkilat, her şahsı müşünde bir yollarını tanlap başlaş lazım. Ama bizimki bütün faaliyetlerimiz umumi bir strateji planının ki terkibi buluş lazım. Eğer de umumi stratejinin ki bir parçası bulmay, öz aldığımızına kıp gelse hem iş bir hodu bulurdu. Fetilmaydı. Bu bir nezriye. Eğer de ben tanımayım ondak nezriyelerini, faydalarını ondak olsa işimiz toğurmamaydı, kısa yolda mağamaydı ve eğer toğa yolladı minip vaktini jutur koyup, fırsatını jutur koyup qarab kaldığan ahvallar payda buluş mümkün dep oylayman. Xo'sh, men qarindoshlarningki savolini men sizlarga iletmedim, ya'ni sizlardan so'ramadim chunki ba'zi savollar intayin uzun. Qarindoshlarni telefon qilinglar dedim. Ammo miyada bir savol tushdi. Bo'shning zamonida, bola bo'shning zamonida Robiya xonim aynı zaman turmadan chiqib rasman nimaga qurultayga rais bo'lib xizmat qilayotgan bir zamonda bo'shmi shundoq va'dalarni bergan. Ama 20 yıldan keyin kamplar içilip yoki 15 yıldan keyin deyli kamplar içilip Uyg'urlar resmi tutqun bo'ladi demdi. Buni nima deymiz deydi. Ya'ni ayni vaqtida bo'sh qishangan yoki Amerikaga qishangan 15 yıldan keyin ko'rayotgan kunimiz, istiqbolimiz bu. Endi bugunmi Amerika qanchalik ishonish darajasi? Chunki bugun Amerika masalasi bek qo'qorib ketyapti. Ya'ni 100 ming imzo to'plash faoliyati. Amerika bizga yordam qilish mumkin. Amerika deb bu Amerika masalasini aytdi. Yuqori o'ringa ilinayotgan mush zavilda qanchalik ishimizki yo'limizni to'g'ri tepib olaylik. Hamma devletin, hamma milletinin miyada dağıtan millet ulus. Özününki bir menfeti buldu. O menfet için her qanday bir işlerini kılalaydı. Ama herkes senin için özünün menfetini kurban kılmaydı. Amerika mı şunda, Sovyetler İttifakı mı şunda, Türkiye mi şunda? Çünkü bugünkü devir ulus devletininki devri. Bununki öz aldığı bu alayetliği bağlanır. Eğer de biz ümidini halklarga bağlap, biz devletke bağlap kıldığan bozak işimiz çatak yani. Biz özümüzge bağlaş lazım ve o devletlerden faydalanış lazım. Bunu biliş lazım. Eğer de onunla birini jığlap, bununla birini jığlap, mankısını ekitip ajında bir biçare, ajında yalır yüzsek o zaman iş bitmeydi. Hal olmaydı. Biz halkara vaziyetten faydalanış lazım. O devletlerin Xitay siyasetinden faydalanış lazım. Eğer de olmayan vaziyetini halkarada yartış lazım. Yartıp yüzümüzdeki menfetige aylandırış lazım. Benim sarhıl adamlar diginim bu. Yani bunda adam bolsa elbette ensreşlerini hemen yok etkili buludu. Öz vaxtida mı Sovyetlerge mi bekin bakkanlar vardı. Japonya'ya mı bekin bakkanlar vardı. Türkiye'ye mi bekin bakkanlar vardı. Bekin sıla hal oludu emez. Ulardan kanda faydalanımız mesela o yerde. Yani bir devlet onda özününki ali menfeti tuğan yerde senin devletinden kutkuz birey demeydi. Eğer de senin memleketlerinden kutkuz birey ya da devlet kurup birey degen bolsa olma şu özününki ali menfettige tuğur kegeçke. Tuğur kemise yani da seni sitirdi. Sovyetler İttifakı aşını kıldı. 1971'de Amerika Xitay yakınlaşkan vaxtıda Muşu Radyo Liberty'deki Uygurçana ip ettiniz. Tayvan'daki Amerika askerlerini hemen köçep eketti. Vietnam'dan çık gitti Amerika. O milli menfetke toğur kegeçke bulanı kıldı. Ama başkalarına faydası buldu. Bundan çekinip çık getkenlik. Şununla xalqaradagi bu vaziyatni yaxshi bildigan, mayli siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik, strategiya, mushlarni yaxshi bildigan sarxil adamimiz bo'ldigani bo'lsa, ular o'xshash xalqaro siyosiy sahnada
böğürlerle dans oynayalayımız. Yani menimki bunu kayıt soruşumdaki sebep eğer Xitay bilen Amerika o'rtasidagi iqtisodiy urushda Amerika bilan Xitoy tuyuqsiz kelishib qolsa, Xitoy hozir biroz Suliga qarab ketyapti. Tunugungi Bunun xabarda ihtimali var. Mao Mayun degan Xitoy bu iqtisodiy urush ikkili davlatga foyda bermaydi deb Suliga tushkiltuvdi hozir. Tunugun dedi o gapni Mayun. Yani demek ki Xitoy boşab qolsa, Amerika bilan bu baj masalasida yoki ikkisi kelishib qolsa, yana biz tashlanib qolamdik. Onun ihtimali var. Misalga Xitay hakimiyetinin merkezinde yani bu politbüronun içinde bir adam var. O Wang Yang degen adam. Eğer Wang Yang degen adam şu Xi Jinping'in ornida bo'lib qolgan bo'lsa, Amerika bilan texim yaxshi bir munosabatni quradi. O munosabatni yaxshi qurg'achqa Sharq Turkistonga bir foydasi yoki Sharq Turkistonliklarga yaxshi qaraydi degan ma'noga kelmaslik lozim. Çünkü Wang Yang eğer Xi Jinping'in yeriga bo'lsa, shu mendik avval degan islohot bor bu. Yani inovasyon. Yani inovasyon Türkçe o'qiyapman. Shuni ilib boratdi. Shuningla Xitoy texim kuchlanti. Uyg'urlar texim izlatdi. Azroq biz demokrasi yağandan bir Xitoycha demokrasiyani berib qo'yapti, yana qilyapti. Shuningga mana Xi Jinping'ninki qilayotgan xatoliklardan biz yaxshi foydalanish lozim. Onun hatası bizninki, g'albininki chiqish yo'li bo'lishi lozim. Eğer bunu mu tanıyamazsak, çatar. Sizler ensirgen narsalar ihtimali var. Hiç yok emas. Yani ikisi çıkışı varsa işler başkaça olur. Fırsatını kaçırmaslık lazım hazırki fırsatını. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Bunu çokum qarindoshlar anglaydi deb o'ylayman. Sizning so'zlarini 10 yil burun anglagan bo'lsak, yana jiqishlar bo'larkan, ammo anglamadik. Hozir jiqlarimizni anglag'ili unamay qilyapmiz. Qarindoshlarimizdan bir qanchasi mening savolimni so'rab bergan bo'lsa deb, ammo nihoyat uzun bir savol ekan, ustiga chiqib qoldi. Mening hozir va texniklik masalaga bir boshdan qaraganligim uchun ba'zi savollar yo'qolib ketadi. Shu naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Bu suhbatni 5 minut uzartayli. 5 minut ichida men naq maydonda telefon qilsanglar, ekranda telefon nomerimiz bor. Inshaalloh savolinglarni bevosita so'ray olasizlar. Aziz qarindoshlar. Unda qo'yganda Amerika masalasida bek nim qilib ketsak, ya'ni voy xuddi biz yo'g'on imzoni itib, cho'ng bir ishlarni qilib, namoyishlarimizni tutib qazanib, xuddi bizga cho'ngishib ketgandek mundaq narsa shakllantirishimiz bu bir xatarlik bir ish ekan. O bir xil bichara psixologiya bu. O mustamlaka ostida turib bichara bir psixologiya bo'lib qolgan gap. Yani xalqlar bizni bir qutqazsa, xalqlarga beqinma. Bu to'g'ri emas. O'zimizga beqinimiz, o'zimiz bir-birimizga qo'limizni berib, o'zimiz ittifoq bo'lib, o'zimiz hal qilamiz. Bizga yoqmagan vaziyatni biz o'zimiz burumlaymiz. Yo'q vaziyatni o'zimiz yaratamiz. Aqlimiz bor. Biz Allohning bandisi, biz musulmon. Buni qila olamiz buni. Elbette Allah razı olsun. Bunun için abayım konkret cevap berle. Bunun bütün biraz tenqidi sözlerimi buldu yani. İslamsız alimlarının ki, ya ki dindarlarının, angsız seviye ziyalılarının ki meseleleri. Onun için hem uygulanmazlık meseleleri mevcut. Hazır abayımın ki %70 kişi kemmevatıdı diye yerimde. Mesela hazır karısak 500 tane doktoru var deydi. 500 tane molla varken dünyada, 500 tane doktoru varken. Şundalı sahneye karısak, boksör sahnesinde 2-3 ya 20-30 adamını göretimiz. Yani %70-60 yani sahne deginim hem de bir hiç bombaganda bugün Uygur halkı kırılavatıdı. Maaşını kılışımız gerek de bir kitap, bir şiir ya bir yazma ya ki bir üzerine bir cümle sözü ya bir guvalıqı hiç nimini kömətimiz hem de bir yerde. Çoğu bu 70% adamның. Onda o eyiplemeyimiz olanı sen bunun belki iqtisadını çıkarıp atkandı, yürkini berip atkandı, keçisi jığlap atkandı ama biz qanday ölçeyimiz bu davanın ki avangardlarını, bunun azalarını, sipini eğer. Başka bir ölçeş usulü olsa şu şekilde ölçeyli yani.
Eğer de sarxıllar bir yolunu başlap, hareketke ötken vaxtıda, sılı degen %70'ninki 20 egişki başlaydı. Eğer de bir netice alalıgan bolsak, sılı degen o %70'nin kalan 20'mi egişidir. Şununla sarxıllar yol başlaş meselesi var. Şununla çetteldeki dava, halk bile töpyekün bir dava emez. Sarxıllarının davası. Yani sarxıllar davanı ilip barıdır. Halk bile birlikte ilip barıdığan dava memleketin içinde. Tişi demez. Hazır bu Uygur davasının ki bir baskuş tüydü. Hele halkarağa Uygur meselesine, Uygur davasını tunuşturuş. Hazır ikinci baskuşka öttü. Sebep şu, yani Birleşken Devletler'de ya da Avrupa parlamentoda eğer de Uygur meselesini müzakere kılıp Xitayga isim işletken olsa bizimki dava tonuldu diyen. Dava tonulgan dediğin iş tüydü. Hem de kıldığın iş kanda kılımız. Hem de kanda kılımız diyen vaktıda 11. ayının ki 8-9-10'larda şu Milli Kengeş içirmakçı. Milli Kengeş'te şu meselelerine konkret müzakere kılımız. Yani kanda kılımız bunun ki. Kaysı teşkilat kaysı vazifeni alıdı. Kaysı teşkilatlar birbirisiyle kanda hemkarlık kılıdı halkara sahnede. Muşlarına müzakere kılıp konkret bir siyaset çıkış mümkün. Mümkün altına. Eğer de aşı çıkan takdirde belki hazır sorgan cevaplara tekrar bir inik bir cevapla çıkış mümkün dep oylayman. İnşallah. Allah razı olsun. Qarindaşlarımız Allah sizlerden razı olsun. Sizden köp minnettar boptu. Bu sohbet nayet güzel boldu deydi o. Köp rahmet beni sabır bile anlagan veya köygen bizim qarindaşlarımızga köp rahmet. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Veli Kurban akimizmi Erkin Efendim'nin Xi Jinping'nin hatalıqıdan paydalanış lazım degan fikri pek muhim dep onu şikran qizipti. Nurg'un qarindaşlar Sizga köp rahmet. Uningdan baş nurg'un qarindaşlar nurg'un dualarni, yaxshi tilaklarni bildiribdi inşallah. Allah razı olsun. Bazı qarindaşlarımız bu şunun Erkin Efendim'ninki muhim sözlerini, hemmisi muhim ama uningdan muhim sözlerini ayrım kesip bilip beni taqatqan bolsalar depdi. Men 3 günden beri mush programmani qilaman deb uxlamay qilyapman. İlan chiqardim. Uyghur qarindaşlık studiyasiga bir yardımcı lazım deb hozirgacha butun yer sharining hech qanday yerdan bir yardımcı bir telefon qilib ma qavani biz qilib birli ya ma gapni biz kesib birli degandim chiqmadi. Shuning uchun buni men hozir chiqolmayim qarindoshlar, chunki mush programmaning o'ziga ara yetishimiz. İnşallah chiqib qola. Yani Qurultay nomidan bu 11. ayda ichildigan yig'in to'g'risida bir qancha so'zlarni olay. Yani onun Hem de kurultay hazır şu çetlerde, halkara sahnede faaliyet ilip birvatkan en güçlük, en talantılı bir teşkilat. Hem de ben burama diyen bu marka oldu hazır halkarada. Hem Birleşken Devletler'de hem Avrupa Birliği'de işini kırıp kıralaydıran bir teşkilat. Başka devletlerinin kimi işini kırıp kıralaydıran bir teşkilat. Hem de şu Germanya'da tizimga aldırılan yani resmi bir teşkilat. Şununla bu halkaradaki bütün faaliyetlerimi resmi bulurum. Eğer de bu teşkilatın azaları da bir çatak çıkan vakti de Germanya devleti arılışıdır diyen. Çünkü aşırı devletinin gibi resmi teşkilatı bu başkan. Muşunda bir salahiyetiyle nurgun işlerini kılalaydı. İkincisi bu teşkilatlığa katılgan muşu çeteldeki nurgun serhiller muşu teşkilatlar. Yani kübüm işe. Yani kalemle ile kat yazalaydıgan. Ya ki bu yüzünki Uygur tılıdan başka bir iki çetel tıl bildiğin adamlar bir şeyde. Şununla bu Uygur halkının ki çetelde faaliyet eğilip bir vatan bu güçlük teşkilatka halkımızın ki umudu var. Bu ümidini yerge koymaslık için teşkilattaki adamlar keçi gündüz işler vardı. Misalga Dolkun Reis ayda bir kaç ketim üyge aralaydı, üyde kuklayalaydı. Yani bir keçiler. Hem yege jügravadı, keçi gündüz jügravadı. Sılımı köydüm yani bilisler. Yani
Allah bulardan mı razı olsun. Allah mı ular cennette ve bu dünyada mı köp nime takdirini başkaça bersun değil mi? Yani işsiz bersun değil mi? Çünkü bu adamlar öyle bolgandan keyin biz onunki kadrini bilip kılış bu keş kalıdı. Bizde aşina bir adet var. Öyle bolgandan keyin onun kadrini bildiğin mı bir işimiz var bizden. Bu olsa şu hayattayken ularını kollap, ularını medetlep, güçlendiriş, ularını tekimi dinamik alığa ekiliş. Bence anlık adamlarının ki işi dep oylayman. İnşallah. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Yani bir qitimliq programmada yani sizninki altın sözlerini ilişki terişime hozircha sizlarni uzatib qo'yib biz İnşallah. o'zimizning programmamizni İnşallah. davom qilamiz. Allohga emanet. Allah'a emanet. Aziz qarindoshlar, bizningki programmamiz televizor programmalarininki taqlidiy shakli bo'yicha davomlashadi. Haftada bir qatim hozircha yetishadiganlik imkoniyatimiz bo'yicha davomlashtirish ilib boramiz. Endi hozirgi programmamiz diniy programma bo'ladi. Buningda men qarindoshimiz Shamsiddinninki Qur'oni Karimdan boshlab undan keyin bizningki diniy qarindoshlarimizdan, ustozlardan Yahya Qari Hajim, ya'ni Norvegiya turishliq Yahya Qari Hajim bilan men diniy suhbat elib boramiz. Ya'ni bugungi bizningki dindorlarimiz, ulamolar xizmatni qanchalik elib beryotidi, biz bu da'voning nerede, bu imzo etishning nerede, bu namoyish qilishning nerede degan mana shu masalalarni deyishimiz. Ben qarindishimizga hemen bir mikrofon baksam inşallah ulangandan keyin bizniki nimamiz davom qiladi. Suhbatimiz davom qiladi. Assalomu alaykum. Yahya Qari Hajim. İşkiranımız hoş geldi. Rahmet. Tuncu qitim sizlar bilan bu işkiranda ko'rishyapmiz. Bo'lsa işkiranni ichibasizlar güzel jamollarini ko'rayli va xalqimiz ko'rsin, qarindoshlarimiz suhbatimizdan foydalansin. Afsus bu texnikalik bir xatolik bo'ldi. Men yana qaytadan ulayman, ammo nihoyatda surat nihoyat yaxshi chiqdi. Bo'lsa sizlar menga bir nima olgan bo'lsalar, agar imkoniyat bo'lsa, men qabul qilay. Bo'lamdi? Bo'ldi. Bizningki bir qancha qarindoshlarimiz buni boshqurish berib, birsimiz xatga, birsimiz ekronga, birsimiz nimaga mas'ul bo'lsak, bu nihoyat yaxshi ma'notda. Ammo undaq bir imkoniyatimiz hozircha yo'q. Shunga kichik bo'lsa-mu ba'zi bir nima yani Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hozir men hamda ichildi nima? Men sizni ko'rdim, ammo ekronga ilishim uchun kichikkina bir harakat qilishim lozim. Shunga sizlar mushbiti nima qilib turibsizlar, men sizni o'ngishib olay. U vaqtcha men sizlarga so'zni beraveray. Qarindoshlarimiz sizlarningki so'zlardan foydalanib tursin hozircha. Ya'ni sizlarni biz chet eldagi qarindoshlarimiz herhalde ko'pinchisi biladi. Uzundan beri Sharq Turkiston davosida diniy da'vatda biz sizlar bilan 15-20 yildan beri tor dunyosida da'vat elib berayotgan shaxslardan birisi o'zlari. Nurg'un qarindoshlarimiz biladi, shundaqdimi? Bugun ekranda tunji qatim chiqishyapmiz. Buningdan foydalanib sizlarni yana bir qisqacha tanib o'tsak, sizlarningki kimliklarini, uni u vaqtchalikda, sizlar tanishtiruvchilikda men texnikalik masalani o'ngishib olsam bo'ldi. So'z sizda. Bo'ldi. Bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Aleykümselam ve rahmetullah. Şükran aldıdaki ve meni karatan barlık karandaşlarım ve hadisanlarım emmelinge Allah'ınki salamı. İslam salamı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben özümle tanıştırayım da ben Şarkı Türkistan zamanından bizim vatanımız Şarkı Türkistan'daki Kaşgar vilayeti tevayya kendim. Hemen Şarkı Türkistan'da bizimki meşhur barın inkılabından keyin biz dini derslerni şu vaqtlardaki şaraitlarda o'qib o'zimizning vatandagi g'ayri rasmiy shakldagi maktab madrasalar yoki uylardagi darslarimizda o'rganish qilayotgan vaqtimizda inqilob bo'ldi. Inqilobdan keyin asosan diniy o'qishimizni to'xtatib o'zligimizdan o'rganish holatida o'rganishni davomlashtiryapman hozirgacha. Hemen diniy tarbiyalarni asosan Turpanda Shaymazondan madrasada o'qigan keyin oxirgi vaqtlarda qog'liq madrasalardan biroz bo'lgan bo'ldik, lekin nihoyat oz bo'ldik. Barın inqilobiga uzoq o'tmay biz bir necha 96-yillarda biz chet elga chiqishga qochib ketishga majbur bo'ldik. Vatan ichida bir yillar qochib yurish, undan keyin chet elga chiqqandan keyin Misrda Azhar universitetida biroz bo'lgan bo'ldik. Bir Azhar universitetiga imtihon berib qatnashib bir 2-3 oylik. Bundan keyin Makkaga hajga kirib, hajdan keyin qarindoshlarningki shu vaqtlardagi madrasada o'qiyotgan va har qaysi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarni Türkistan barın inqilobning davomini chet elda davomlashtirish uchun chaqiriqlar qilsak, chaqiriqqa ovoz qo'sh o'zimizningki o'qishga garchi ehtiyojimiz ko'p bo'lsa ham, ammo yana o'qishni, bilimni ko'rash jihad ichida izlashni qarab, jihad maydonlarida, ko'rash maydonlarida o'rganishni ham sahobalarga o'xshash bir ilim metoda bo'lgan ma'no nisbatan degan bir tuyg'u bilan davomli shu xil ruh bilan o'zligimizni o'rganib kelyapmiz. Allohning o'zi bilan hozirgacha biz 99-yilgacha bu yerlarda pasportlarimizningki vaqt to'shqicha har qaysi joylarda Turkiya, bundan boshqa Qozog'iston, O'rta Osiyolarda da'vat xil ishlar bilan shug'ullanib o'tsak-mi? Ahirda 2099-yilda Yevropaga, Norvegiyaga kelib qoldik. Shu vaqtdagi sharoit tufayli pasportlarimiz yo'q, hech qanday turish imkoniyatlarimiz yo'q. Xitoyninki bizga pasport uzatib berishi mumkin emas. Vatandan chiqqan vaqtida unda pasport bilan, rasmiy pasport bilan emas. Shu vaqtdagi bir xil qochoq yo'l endi buni. Shu vaqtdagi xalqlarning boshqalarning pasportlarini yasab odam qochirgan ishlarni boshlangan uchuncha shunday shaklda chiqib turadi. Buni pasportlarimizni Misrda biroz uzatib olgan bo'ldik bu yerga, shunday bo'lsin, ammo keyin yangilash mumkin bo'lmadi. Shuni bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bu siyosiy iltijo qilish organlariga tizimli ularning qog'ozlari bilan turpaqan bo'ldik o'tirasida. Sizningki ustozlar, vatandagi ustozlarni bir qanchasini ismini bilami? Shaymadan o'zimningki dadam birinchi men bizning oila Qur'on dadam qori tarbiyalaydigan. Qur'onda o'zi Qur'onni yodlab tamomlab bo'lamagan bo'lsa, ammo Qur'onni yaxshi o'qiy oladigan qori tarbiyalaydi va diniy jihatdan xili yuqori namnamas saviyada shu yerga nisbatan oilada davomli bolalar o'qitmak kichigimdan tortib dadamda 15 yoshimda Qur'onni yodlab hofiz Qur'on yodlagandan keyin shu vaqtdagi o'qish sharoitlari bilan Turpanda o'qigan bo'ldik boy degandek. Shaymadan damlam degan ustozlar. Undan keyin qog'liqda mamtimin damlamning ba'zi darslar qatnashdi, lekin oz bo'ldi. Ammo fikri jihatda o'zligimdan o'rganish
Men gerçi hükümetninki, Xitayninki ma'rif maktablarda faqatlam o'qib bakmagan. Ama özüm ailede anamdan ta'lim veriş arkalık Uygur tilini, ana tilini yazış, okuş, qilish o'rganishdan boshqa adabiyotga qiziqib o'zligimda o'rganib hali bir saviya hozirlagan. Ta hozirgacha bu narsani ma'lum darajada o'zimni o'rganishga kelyapman. Bir tarafdan o'zimizning dinini, arab tilini. Vatandagi saviyamizdami shu tarjima qilib arab tilidan Uygur tilini yaxshi, Uygur adabiyotini yaxshi o'rganishgan boshqa Uygur tilida hali yomon emas nima qilgan. Şu sebepten çetelik çıkanlık gibi tercüme, Arap dilini Uygurca tercüme kılışta hali burulan karandaşların içinde ben hatta dersliklerini kıra vaxtımızda Uygurca'ga Arapça dersini tercüme kılış mema vaziyette tavşırılgan. Çetelde kurslarını içepmiş, Avrupa'ya geldim ama kurslarını içep bazı 5-6 karandaş birlikte vaxtımızda ben tercümalı kıldım esasen. Arap ustazlarına. Bu şu jarayonda men hozirgacha Uyg'ur tilida hozirgi to'rda qilayotgan suhbat yoki xizmatlar bormi diniy darslar masalan? Hozirgacha buni uzmay keldim endi. Men birinchi qatam sizning xabarlar bor. Başta biz vatanda bu çayxona degan narsa chiqqan vaqtida diniy çayxonalar yo'q vaqtida diyorim çayxonasi degan o'sha çayxonalarda da'vat boshlab keyin vaqtida men faqatlam bu diniy da'vat qilishni asos nishon qilmay faqat Uyg'ur tilini chetariga chiqqanki bu tilninki bilib nimadan ayrilgandek, bilib sudan ayrilgandek bir xil tilimiz ajizlab ketdi. Ma'g'ansiri. Buni to'ldirishni maqsad qilib bu çayxonalarga kirib o'ltirib o'zimizning xalqi yoshlar bilan so'zlashib buni to'ldirish, bo'shliqni to'ldirish bir tarafdan men shu vaqtlarda maxsus bu Norvegiyaga fursatdan foydalanib nimani diniy o'zimninki o'rganishini nihoyatda boshqa o'rganayotgan shu fursatda bir tarafdan Uyg'ur tilini shunday to'liqlash uchun kelgan bo'ldim. Keyin vaqtning o'tishilar u yerda so'zlar bo'yi da'vat qilib masalalar so'rilib uning javoblari shuni bilan asosda bu çayxonalar, diniy çayxonalar şekilde da'vat so'rovlar hozirlanib kengaydi bu vaqtda. Keyin bir mezgildan keyin men ma'lum sabablar bilan bu da'vatni misol çayxonalarni to'g'ri da'vat qilishni o'zim qildim ama davomli bor hozirmi meniki aytganda bugun har kun istigidek diniy suhbatlarni Skype orqali maxsus o'zimizniki ayrim suhbat qilib suhbatga qatnashganlar tanıydıgan ve tanıştırıp şu tanıydıganlar özleri ma kardeşim ben tanıyman şeylik dep nim kılsa tanıştırış verse o da katlaştırıp başta şekilde evet az olsun külem cihette az olsun hatta bir adam bilen sohbetleşsem davamlaştırıp gidiyor. Yani hazır endi mesela nurgun sohbetler yoki diniy darslar bo'layotganligi ma'lum. Endi sizninki bu darslar asosan nima tarafdan bo'ladi? Ya'ni bugungi kunda diniy dars berayotganlar intayin yo'q emas. Bunun bir alaydilik bormi yani? Meniki ders suhbatimda men vatanning o'zida shu inqilobga qatnashish jarayonida his qilgan narsam benim ailem bu aslında siyasi bir çoğu olsak en kengirchilik davrlarda biz davamlı Xitoyninki nazorat ostida davamlı şu kuzatish ostida bir xil bexatarlik idoralarininki nuqtaliq nemisi ostida yashab kelganishga bu siyosiy narsa tabiiylan nisbatan bir siyosiy shakllanib qolgan desam bo'ldi. Lekin bu siyoset to'g'risida izlanib ma'lum kafirlarninki siyosiy manbalardan ba'zi narsani o'rgangan har bir sistema to'g'risida dunyodagi sotsializm, kommunizm va uning boshqa sistemalar to'g'risida izlangan bo'lsakmi, ammo islomning manbalariga biz vatanda erishamagan bo'lsa nurg'un savollar kelamiz qoldi. Gapning xulosasini qisqartirib qo'ysam, men hozirgi dars suhbat qilayotgan vatan ichida shu hozirgi suhbat qilayotgan mavzuyim islom shariat siyosatu shar'iyat, shariat siyosati va u siyosatninki an'anaviy taqlidiy turasul islom bo'lgan burungi islomiy hokimiyat davri surayotgan va mezgillardagi siyosat emasdan balki bugungi kunda musulmonlarning beshiga kelgan hokimiyat qo'ldan ketgan vaqtlardagi siyosatlar qanday bo'ldi degan bu savolning javobi
doirasida islom dinining siyosati, siyosiy mavzusida asosan bu siyosiy mavzu bo'lganki tabiiyki aqida, islom aqidasi bilan bevosita chetlashlar, ya'ni aqida darslari biz nazariy dars desak, islom siyosati buningki amillishi naq maydonda hayotimizning ifodalanishi bo'ladi desak bo'ladi bir tarafdan esa. Yani bu hazır mesela Mavzuda. bugün aslında sizden ben muhim meselelerini sorayım. Çünkü biz bizden işkiranımız resmi ilim ehlilerini, resmen siyasi yollarını, doktor ustazlarını tip çıkıp bu işkiranı çıkımen davatqa adam nurgun ama biz halkılık yani milletini bir kutulduruveliş derecesinde yani yol göstüş, hakiki bir kesimimizin tep çıkış ve bu kesiligi davat epiş üçün şununla yol gösterligidek şahıslarını ilip çıkışık terişivatımız hemde. Yani bu siyasi cihette okuğallarının kemçil boğallığı tüpeyle bizimki dindarlarımızın içinde bugünküce bu siyaset bilen uygurluk ne, din ne, ümmetçilik, milletçilik bu neslerini birbirine bağlayanmay hazır Şarkı Türkistan halkının dini yol göstüş meselesinde nahiyette biraz pasif gittiğimiz dep oylayma. Bu cihette emdisle yani bugünkü naq meydanda bo'layotgan ulamolarımızın, din o'qiganlarimizninki siyasi jihatdagi seviyesi, bilimi qanchalik biz endi ularga pichanmaymiz ama sizlarning bunday bir jinglash lazım bo'ladi. Ve bu to'g'ri mengayotamdiq yani dinning siyosiy qismi to'g'ri mengayotamdiq, mush to'g'risida suhbatga mishadin kirayli. Bo'ladi. Ben aldılar ve özlemdeki bu siyasi cihetten bir yerde meylemen Ezher Üniversitesi'nde mesela azrak okugan buldum bir yerde izleyen şu vakti ben siyasi ilmine kızıkım elbette siyasi sahaya. Unuttum başka dünyada bizge hakikat İslam'ın siyasetini yutulan ya ki resmi orulay bu neslerini uçuratmadı. Kitaplarına aytken buldum ben de. Bunun sırlarını mı nümkügan buldu süreçlilik ama ma'lum kurs şeklinde Avrupa'da olsun, başka joylarda olsun kurs şeklinde biz siyasi dersler aldık. Ve özümüzde kalıstaki sualların nurgulluğuna cevabını taptık endi. Yani mudasip öğretmende siyasi seviyenin miniki gayri resmi şekilde ügünüş kıldık desek oldu. Məxsus bir mekteplerde okup resmi şekilde puxta asas silip tertiplik rakip olmağaçka ve özlüğümüzün ügeniş olağaçka tabii ki bunun da neçvahmamızın ben bu mavzuda məxsus oturup çıkmasının edilmezdim de qarayman. Şular bu başka oturup çıkıp gerçek olavatkan ahvallarını sizip zörür de qalsak mı bu sahanı? Hem de bir yerde sizden sualın cevabı kelsek, ben şu an bunu özellikle bunu değiştirdim. Özellikle sözlerim var. Şu noktada meniki davatkan bağlarım ya ki küzüşümü şu noktada düşünülüşü lazım da şu aldığım bunu dedim. En olduğu için bizim bu alimlerimizin ki meyli biz Uygur Müslümanların kişilik ehliyle çeteldeki olsun meyli bütün Arap dünyası, İslam dünyası ehliyle olsun siyasi cihette bizde bir çok çekiniş nezri asaslarımızın ait nimi var. Bunun tarihi nezri asaslarımızın ait töven desek bulunur. Bunun tarihi asası pek uzun tarihi yani İslam tarihinde ta ki şu imamlar devirden başlayıp biz 14 mezhep imamlar devirden başlayıp hemisi şu siyasi sahada kitap yazgan ya ki sözlügen ya ki bunun anlaşmalar teklif bastırılıp şurada gelgen devamlı. Ve bunların kitapları siyasi mevzuda yazılan kitaplar devamlı tahtılmayı diyendek. Hazır ki bu siyasi mevzuda yazılan tefsir ya ki kitaplar olsa bunun abdurları mesela bunun en tipik uç guvasına Seyyid Kutub Rahimehullah'ın ki kitapları mesela umumen. Hazır ki tenkitlenip devamlı, yeklenip devamlı xatarlik manbada qaralgan bir narsaga aylanib qolishmoqda. Bu narsa mavjud bizda. Shunda bo'lg'achqa bizda maktab universitetlarda bu sohada bir ochqa bag'dak bir narsa yutilmaydi. Bunda bo'lganligi uchun siyosat sohasida chekinish, boshqalar tava bo'lish, hatto men Uyg'ur olimlarimizningki hali yetilgan shu siyosiy sohada
ma'lum tashkilot jamoatninki mas'ul shar'iy mas'ul bo'lgan qarindoshlarimizniki o'zining ismini deb o'ltirmayman bu yerda u qarindishimiz hozir yo'q ketimizdan vatanga qaytarilib turmudi yetyotidi. O qarindishimizning og'zidan biz siyosiy jihatda hech narsani bilmaymiz. Shuning uchun biz hozirgi maydondagi siyosiy ziyolilarga ergashishimiz kerak siyosiy jihatda degan so'zni aytgan. Shu vaqtida men nayta afsuslangan haqiqatan. Chunki islom dinininki bu yerda ziyolilarninki endi umumyuzlik siyaset din ayrıldı. Ondan keyin siyaset ularning davatgan siyosati bilan biz islom dinining siyosati tamamen o'xshamaydi. Hozirgacha ahli ilmlarimizda eng oz deganda bu islomning dinda Allohning dinida bu islom dinida siyoset bor deb tushungan taqdirda ama siyoset bilan islom siyosati bilan dunyoninki ketib qolgan siyosatninki farqini asosan farqlantirib ochiqlab ikki xil siyosat bor bu yerda o'tirib qo'yilmaydi. Şunun farqlandirmaymiz degandek holatda ko'pincha shuning bilan siyosiy jihatdan biz boshqalarga tava bo'lishni tashabbus qilib o'zimiz unida o'zimizni ojizligimizni ular boshqalar bizga nim qilmasdan burun axborot ko'tarib bo'lgan holat mavjud. Bundan bir qism siyosatchilarimiz ya'ni siyosiy jihatda hali fikr jihati o'tkir qarindoshlarimiz bo'lsa ularningki diniy jihatga ilmi ojiz. Diniy jihatda ilmi bor qarindoshlarimiz siyosiy bu siyosiy masalaning ustiga naq maydonni hozir dunyoning siyosatini puxta bilish undan keyin uni islomiy tarix bo'yicha islom siyosatini ayrim tushunish islom siyosatining bayman degandek tarixdagi islomiy davlatlar mavjud to'g'risidagi davlatninki yurgizilgan siyosat to'g'risida yozilgan siyosiy kitoblarning ko'pincha hozirgi siyosatninki islomiy davlat qo'ldan ketgandan keyin yo'q davlatni maydonga kelish uchun qo'llangan rasullarninki hayotining biyosida yanılgan bunda siyasetler Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamberler tarihinden bizge uyutilgen siyasetlerini çıkarış bunda ona düşünmemez. Lekin pek kıyılınmaydı aşmamaz. Bugünkünde bizge bokma bizdeki ecdatlarımızdan Abdülkadir'dan bilen, Sabit'ten bilen okşaş dünyada yalnız Uygur milletine mensup emas, İslam ümmetine mensup kılışkı tegişlik olan alimlerimizdeki bizde kolumuzda bakın Uygur Müslümanlarınki, ulemalarınki nimisi var, kolumuzda asasımız var. Tuncu katım dünyada İslam Cumhuriyeti, dünyadaki Cumhuriyet tüzümü dünya umumlaşkanlığı tuncu katım Cumhuriyet tüzümünde devlet kurargan alimlerimiz var. Ulanınki bizge kaldırgan mirasları var. Bulanınki bu siyasetçilerimizden şu vakti dünya karşı, dünyadaki siyasi menheç tutmagan, siyaset tutmagan menheç metotlarını biz varis kıla alırsak boludu bugün günde yanılan dünyanın adını bana alayımız. Yani bugünkü din okuvatqanlar, bugünkü İslam davası qılıvatqanlar, bugünkü ahli ulama qarindoshlarımızın İslam siyasi qismida qanchalik xizmat qilayotganligini biladi. Ya'ni bu xizmat bizga yetarli bo'latamdi yoki buni qaytadan qo'lga ilishimiz kerakmi? Ya'ni bugungi sizlarni bu suhbatga taklif qilishimiz va bu suhbatda bo'lishlari buni maqsad qilamiz. Ya'ni bundan keyin bizning ulamolarimiz, dindorlarimiz xalqimizga islomning siyosiy qismi va Sharq Turkiston xalqiga islom siyosiy davosi va yo'lini ko'rsatib beralamdi, qo'lga olamdi bu xizmatni degan maqsadda buni paranglashib Elbette imkoniyatlar, sharoitlar atrofimizda nihoyatda mo'l turibdi. Bu diniy ahli ilmlarningki bizning xalqimizning islom diniga bo'lgan sodiqligi, islom diniga bo'lgan muhabbati bu siyosatchining har qanday bir siyosatchida tepkilg'isiz go'har hisoblangan uni atrofiga qo'llaydigan xalqi bo'lish kerak siyosatchini. Bu narsada bizning diniy olimlarimiz bunga hech qanday bir nima basishlaydigan, uni bilan ta'minlaydigan nima yo'q desakmi, mubolag'a bo'lmaydi. Bizning xalqimiz keyingi kunlarda diniy jihatdagi bizning xalqaro siyosatlardan foydalanib islomiy bir yetakchilikni qilolmaganligimiz shular nurg'un jihatdan majbur boshqa siyosiy iqlimlarga mang'iyotdi desakmi yoki ular yanidan bizda o'tirib chiqib mang'sak ya'ni shunday holatni besim qo'shilsin yana o'silmish ishkironga kamera qarab turib gap qilsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Diniy olimlarga erishimiz deb yana shunda badal to'lasimi yana chiqtirayotgan nurg'un yoshlarimiz, nurg'un xalqimizning ko'p qismi shunday. Demak bu bizda asos imkoniyatlar undan boshqa boy biz degandek ilmiy jihatdagi asoslarimiz va tarixiy manbalarimiz mavjud.
Fakat özümüzün bununla uğurluk kılmayıp, aklımızda işiltip, icdihatını başlap, Raus Kriştallık bilen meydanga şüke Allah'tan korku alette kılsak bulunduğun iş ve imkaniyetimiz, şeraitimiz var. Bunu mevcut ulemalar kıldı mı? Yani bu İslam siyasi kısmını Şerq Türkistan siyasetiga, yak Uyg'ur siyasetiga bağlap hizmet kılıvatkanlı bağ mı cemiyet sizlarca? Yeterlik emez. Var ama yeterlik emez. Belki nimenin keynidi kıyıvatımız. Bu real hayattaki bu aslında siyasetçi, bu siyasiyetin yeteksizlik kılgıcı peşiva, boğucular, imam aldığı mangucular çokum cemiyetinki aldığı ılgarmanış gerek. Hazır biz kendi kıyıvatımız. Cemiyet bizi zorlap sizlerimiz çıkmayız da beğenimizde nimtumuz mağmaydıgan bir kıla keyfiyette. Bundan da bekinmeçilik bizdeki bekinmeçilik. Bu neyse bizni özümüzü yenilemaydigan bilimimizde devamlı. Yenilik bo'lgan davomli bu siyasi jihatda ahamiyatini az berib boshqalarni agarsakdan bo'ladigan boya ben bir qarindishimiz ochiq so'zni anglagan degandek shularni bevosita akilib ishlatib aslida hal qilsa ziyolilarning siyosatchilarni akilib manda bir xil mangan bo'lsa bunlar yetarlik bo'lmagan bir xil bo'ladi shu pek yo'g'an odamlar yig'ilish mablag'lar serilib qilayotgan bo'lsa-mu lekin xalqimizning dardiga ochqa yerga bag'idek bir ish qilolmayotimiz. Yani İslam siyasi kısmından halkımızga bir narsani deb beramatamdiq. O'tirda biz o'zimizdan aqida iymonimizni bu shu siyosiy ehtiyojimiz bilan xalqimizningki o'zi his qilib buni iymonimizda ma'lum turdi. Ammo uni biz shu iymonimizdan urg'ib chiqqan, aqidamizdan urg'ib chiqqan islom siyosatini xalqimizga yeyib, ularga u tarafda ro'shan yo'lni xaritini ko'z siz beramadingiz. Yani bugünkü günde bizni dini taraftan to'g'ri yo'lga boshlab mangadigan islom siyosati mavjud emas desak bu yerda inkor qilgan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Yani bavosi nerede bunu olimlar dedimi ya demagan bo'lsa biz demdik. Bu bayılgendeki bütün İslam dünyasındaki bir tarihi boşluk var ama lakin bunu tolduruluş biz Uygur Müslümanlığı nispeten dünyada çok fırsat ve başka Müslümanlardan bekerek hazır kopma. Nahit hazır fırsatta çok bir imkaniyetlerimiz biz oturup koysak mansak bulunan şeraitler var. Başkalar bunun Allah kaçan bu sahada nimelerge kirişip ketdi hazır hatta ictihat qilish tadqiqotlarga yo'lninki oxirisi nima uchun biz bütün musulmonlar qo'zg'alib harakat qilib buning davomli hozir 40-50 yil hatto 70-80 yil islom uyg'unish harakati islom dunyosida islom xalifaligi Osmonlar xalifaligidan keyin islom uyg'unish harakati boshlangani hozir 70-80 yil bo'lib qoldi. Buning ichida 40 yil buning ichida 30 yil 40 yil nima Kurallık köreşten buldu hatta. Muşların içinde halk bilen birleşenmeyi, halkını uygulamayı, halk başta alıp kegen bulsun, ahırsta Arap bahar ya ki İslam bahar deyip halkını uygulayıp görünürken, ahırsta halkını yana yitireklep doğru yönlüşte bugünkü dünyanınki siyasetçilerinin aldı da onun cevap olarak halkına gidemeyenlikimiz bu kemçilikle istigan alımlar hadde bazı İzdiniş üstüde davamlı şu atkalığın İslam dünyasında ben iyi sıkıntı var. Ümünü şütüvatımız şu an sahada. Ama bizimki Uygur ağalarımız bu sahada bayılgenimizde naitte aklançılık kılavuzunu desek oldu kıskat. Özü bunun izlenmeye vatkandaki tüy vardı da belki ben bilme geldim. Bunun hem de ulağını... Şahsen ben mi görmedim mesela hem de bu oylıqı o ulemalarımızı eyipleş maqsadi deyilayotgan söz bo'lmaslik lazım. Bugünkü günde bizninki 1000 yıldan beri e'tiqod qilayotgan islom dinimiz shubhasiz, cheksiz, sharaflik bizni dunyo va oxirat yaxshilikqa boshlaydi. Bizni qutuldirib oladi degan islom dinimizningki bugungi kunda Sharq Turkiston xalqi ko'rayotgan zulm, Sharq Turkiston xalqi patgan kirizga bir chiqish yo'li, yo'l ko'rsatish, bir dora
tip beremeyotganlığı mesela bugünkü söhbetimizde mesela az 100'ge yakın adam batı biz dini söhbetini başlagandan keyin hemen onun yerimi yo'qolib ketdi. Hatta dindan jiroqlashish, insonlarning tabliğ da'vatdan jiroqlashish, ya'ni zerikish qatorliq bundoq narsalarni keltirib chiqadi. Buning sababchisi kim? Yani Hem bir de tabii ki biz devamlı bir nersini şundak tekrarlasak bunun bir Kur'an-ı Kerim'in üslubu menheci boyunca kişilerge yenilik tuygusu veremezsek ve şu meselelerine hazırlıklı kişilerin ihtiyacını bağlayamazsak ve ulanınki suallarına din kitabıyla sünnet-i Resulullah'dan cevap veremezsek ve ulanı yol göstermesek, ulanın köreşte yol gösterip koymazdan köreşten aldığım sebepte yanlarımızın türüp ulanın birlikte keremesek, birlikte kopamazsak tabii ki o bizim sözlerimiz Peygamber'inki varisi buluş sütüge düşüngenliğimiz şu vakıda o kişilerin ziriktirip koyuşu, Allah'ın dininden nimkip koyuşumuz, kişilerin jiraklaştırıp koyuşumuz, davet kıldığımda kişilerin ondan malalık yetkizip koyuşumuz tabii ahval. Yani yeni bir çıkış yolu, yani Kur'an-ı Kerim'e nispeten, dinimizge nispeten yeni bir yönelişni şu seleflerinki yoluga qarta meyli mezhep taraftan, meyli Hanefi taraftan nereden bolsun tipip bugünkü Şarkı Türkistan halkı körüvatkan zulümden qutulduruş, bugünkü davayimizni ilip çıkış için yeni bir yol çirtiyoj, sırat-ı müstakimni sizip çıkışımız lazım mıydı, emes miydi degan savolni qo'yman mecbur. Elbette o bizdeki kılıç tegishlik mecburiyetimiz hozirgacha emas, biz mubadara deb qo'yamiz arabcha oldin ola qilishimiz, xalq bundan keyin mush narsa ehtiyojimiz tushgan degan narsani oldin ola bilib biz uni tayyorlab qilib xalqni uni tayyorlab mang'algan bo'lsak bo'ladi. Bugungi kunda hozirgi vaqtning o'zida bo'pmi, mening his qilishimcha ziyolilarimizmi biz vatandan sirtga chiqqan 90-yillarga qaraganda dini jihatga nimasi nihoyatda kuchli bo'ladi chet elda. Bunun dini hala unaytı siyasette itibar qilinmaydigan hatta çoğun teşkilatlarımızda mı onda dini komite degan bir aslam yoktu. Ular aslam keyin qurildi, bağlan sıra ular dinga adir endi bağlan sıra texmi çıkmadı. Bular davamlı bizden talep kıladı, bizga ügütünler ügüniş kılayla sizler bizga yetekçilik qilib dini jihatdan da'vatdi ama biz ulardan sözleşken vaqtimizdan kımmet qarash, dünya qarash, resmi ideologiya asas ularninki ügengen marif akliyetininki yıldızlardan başlap ulardan sözleşimiz gerek. Çünkü İslam'da mesele tamamen dünyaya boğan düşünce İslam'ın tasavvuru, İslamcı tasavvurda ularga ügütüşümüz elbette ularning kallasındaki din boğan din düşüncesi intayın tar dairedeki sizip verilgen din düşüncesi var. Bu sahadan Ular deganlari qaysi, kim? Yani ziyali ve bu siyasetçilerimiz hazır. Ziyalilerden teşkil etken yaki olmasa umumen siyasetçilerimiz. Ziyaliler bolsun yaki bunun başka. O tabii avvalga ularda dini düşünceninki az buluş tabii avval endi. Onu tabii avval ama ular hazır ular bizden talep kılıvatla vakti demek için talep kılıvatla ne çok. Unda olganda o sözün ornuga ziyali emas, alimlar deb işletiş lazım bence. Yani bugünkü dini alimlerimizden dinini de yetekçilik qilishni şu siyasetçilerimiz talep kılıvatla vaktinde bizde uları tayyorlab ularning bilim seviyesi siyasi tecrübelerinde bir kubul qilsa bo'g'dak ular bir bo'lgan degan narsa shularning bir nimterak binasini deb turib o'tirib savollarga javob berolmayotgan yozgan kitoblarimiz bo'lsin, diniy kitoblar başka dersliklerimiz olsun ular izdivatida hatta tercüme qilingan narsalarni uyg'unish qilyapti hammasi menimcha. Ama qanmadi da ularni qandiramadi da. Ama ularda bir narsa menimcha İslam'ınki bu siyasette yetekçilik qiladiganligiga ma'lum burunga qaraganda siyaset bilan dinni ayirib tushunchilar bo'lsa-mu, lekin ma'lum farqlar hozir İslam dinga yiqilish farqlari, uyg'unish qilish jarayonda farqlar bor. Lekin bu tiz holati bo'lishi kerak. Hozirgi bizning ehtiyojimiz
vatandagi xalqimizningki bu ig'ir holatda nima qilgan bu xil hozirgi yo'qolish, ya'ni butun kasbiyatul jasadiyya deymiz arabcha, butunlay qirg'in qilib yo'qotib o'tish xavfiga duch kelgan vaqtning o'zida bu holatda biz darhol hamma kuchlarni hammamiz zich birlashgan holatda bir tez harakatga qilsak bo'lmaydi. Endi bu Allah razı olsun. Bu yerda qarindoshlarimiz ba'zan savollarni so'rabdi. Furqat Solih degan qarindoshimiz hojimninki ustozning kelgusi tasavvurini anglab baqsaq deb, albatta biz hozir tanqidlaydiganni tanqidlab asosiyatdan bir jamiyatni umumyuzlik jumloq shirani ustiga to'kib ba'zan bir gap so'zlarni qilyapmiz. Yani bugungi siz degandek hozir ziyolilar yoki siyosiy yo'llar, siyosiy rahbarlar din bizga nima deydi, islom bizga nima deydi degan bir narsani so'rayotdi. Buningga dindorlar, ulamolar albatta javob tepish lozim, ammo buning biz haqiqatan javob topolmay tashkilotlarning, siyosiy partiyalarning, hukumatlarningki bir kategoriya, ya'ni diniy ishlar komiteti, diniy ishlar ishxonasi degandek bir qo'shimcha bir yerlik aylanib qolyapmiz hozir. Diniy eng asosliq bir o'rinni egallaydigan bir hayot qonuni bunda qo'shimcha kuchib qilyapti. Xo'sh. Endi benim bunun da bizlik benim bunun deyilgan tasavvurni aşk kardeşimizin sualına cevap verip kalsam bu yerda benimki şahsi tasavvurum belki çoğun kıymetli olması mümkün ama benim tasavvurum diye işte olursa kılıçlı tigişli kılalarda işimiz muşunda zihni uçuk kardeşler bunun terkiplattan biz nayette İslam siyasetini tetkik kılıp ve hazırki emini ahvalımızın ciddi reallıkını tetkik kılıp çıkıştan oturdun. Biz Kur'an-ı Kerim'deki Estaizubillah ve ma kanel mu'minune liyemşuru kâffa felevla nefara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyetefakkahu fiddin ve liyunziru kavmahum izâ raca'u ileyhim leallahum yahzarun. Bunu bu ayet-i kerimde eğitilgan mezmununu derhal ciddi hareket keltirişimiz lazım. İşte bu gafıda bu ayetni yani qarindoshlarimiz biraz ochiqlab bersin. Ayetlerin tercümesini aldı bilen tercüme Kur'an'dan okuyayım. Ondan kim çünkü Arapça tercüme kılamayız ama birlik kelgen tercümeden okuyasak yaxshi deb qarayman. Kur'an-ı Kerim'in tekstiga nispeten. Bu ayet kerim sure Tevbe suresiningki ayet numarını ko'rmaksam qiyin bo'ldi. 322 ayet o'xshaydi. O'chib kelamedim. Sure Tevbe suresindeki ayet, bu ayetin tercümesi müminlerden hammasının cihatga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi cihatga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoatning yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmning tashiga qaytgandan keyin qavmning Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi degan savol. Yani bir yerda nima demoqchi deganda ilm talab qilish deganda Kitabullah, sünnet Resulullah'ını işkan doldurup ya medrese doldurup ders kılış, yürüyüş kılış emez. Belki nek meydanına çıkıp nek meydandan tekrar, Arapça tekrar deyimiz, nek meydan bilimi hazırlaş lazım. Yani bizim Türkistan'ın işki taşkı halkara vaziyetinin bütün bugünkü siyasetinin yüzün işi, dünyadaki güçler, olanın tanpunluklar, bizden faydalanmakçı olan, bizden kızırtılmakçı olan güçlerinki nemi məqsidi var ve biz onlardan qanday faydalanayımız degandek suallarga əməliyyatdan izleniş grubu bilan cavab takrir, yani naq meydan nimasi hazırlaşımız lazım. Ve ondan keyin Kur'an-ı Kerim'deki bu vaqtga şu vaziyatga, şu navbatga, şu takrir əmin naq meydandan chiqqan xulosiga Kur'an-ı Kerim nima yetakchiliklarni qildi, Kitabullah, sünnet Resulullah. Bunu chiqara olsak, o vaqtida bu oyatdagi grupni hazırlay olsak, bizningki kelgusidagi tasavvurimiz Ondan reallıkka, əməliyyatga uygun, qo'llanishchan, quruq shaxsiy hissiyat aralashgan bir narsa bo'lmasdan, bu real əməliyyatga uygun bir narsa bo'lib chiqadi. Buni yolg'iz bir ikki yarim qila olishimiz qiyin. Hozir Arab dunyosida bundaq boya biz degandek kamchiliklarni Arab bahori yoki Islom bahori deb atalgan harakatlarning mag'lubiyatini tadqiq qilayotgan guruhlar, shaxslar ko'payadi.
Endi şu dünyadagi cho'ng davlatlarmi bunda tadqiqot o'rinlari ularninki maxsus davlatning siyosatini xalqaro siyosatdagi maslahat berilgan bunda cho'ng o'rinlar bor. Shuning uchun ular bizning ilm sohasida ustunlikni egallab keladi. Bizning ahli ilmimiz, diniy olimlarimiz hamda bu narsani qilishga adovat deb qo'yamiz arabchada vosita bilimlarga sal kamchil bo'lishi kerak, ammo uni kas emas. Agar mushu har qaysi fanniy bilimlarda yetilgan kishilar bilan zid birlashib o'rtaq izlanish qilsa bu narsani amalga oshiradi. Yani siz demekçi bir shaxsiy tasavvurimni o'tirib qo'ysam degandek bu tasavvurlarim bor, yo'q emas. Ammo bu tasavvurlar baribir yani shaxsiy tasavvur u bir askariyaga bormaydi. Ya o doğrusu yani kirimiz yani siz demekçi bir Şarkı Türkistan meselesinde, Uygurlar meselesinde bugünkü yo'qolayotgan ciddi bir krizinin vaxtida Kur'an bizga nimdeydi, hadis bizga nimdeydi. Yani umumiy biz da'vo qilayotgan bu islom nimdeydi bizga. Abay Erkin Ekrem efendim bir gapini deb o'tib ketdi. Bugünkü islomsiz olimlar debchu. Bugün bu yani İslam asli bir dünyani qutuldirib oldigan, insoniyatning butun hayotini qutuldirib oldigan hayot kitobi, yani hayot shariat qonuni. Ama Uygur'un davasıga kelganda bu İslam nima bo'lib qoldi endi? Ya'ni o'zining kuchini yo'qotdimi yoki bundaq deyishimiz yaxshi bir gap emas, og'zimdan chiqib Bu ketdi. kuchini yo'qotmadi, ammo bizda Uyg'urlar bir gap bor, burun bir oltin tovoqda tilamchilik qildilar. Bu oltin tovoq qo'limizda, ammo biz oltin tovoqni, oltinning qiymatini bilmagan ekan, uning bilan chiqib tilamchilik qilgan bir ahvol bor. Shunda va boshqa bu yerda qimmatni o'zimiz bilmagan. Ishqsalamagan, uni o'qib tilovat qilib qo'yamiz, yig'laymiz, duo qilamiz. Ammo u sahobalarga o'xshash sahobalarning nurg'unlari Qur'onni yod bilmaydi, hatto nurg'unlari savodsizdir. Ammo ularni Qur'oni Karimningki ong tarbiyasi, ularning vujudi, harakati Qur'onga, tirik Qur'onga aylandi. Bugungi kunda işte tirik Qur'onlarga ehtiyojimiz bor. Daftarning ichida, nimaning ichida, muqovaning ichida shu faqat tilovat bilan qilib qo'yilgan. Bugungi kunda hatto bu Qur'on Karimni musulmon bo'lmaganlar hozir liqidek ruhiy kasallarni davolaydigan bo'yicha ishlatyapti, ammo biz uni amaliy musulmon bo'lish ustimizdan bundan bu Qur'onning siyosatini o'zimizning hayotida eng ehtiyojli bo'lgan bir vaqtimizda bunu bilmeyatımız, adını oturup koyamadımız. Yani şunda olgan qaraganda hamda naq real, naq meydanda bugün 2018 yılı 10 ayda Şarkı Türkistan xalqi o'zininki asli zimindan ko'chirilib Xitoy tarafidan ichkari o'lkalarga solinib, turmalarga opirilib, yo'qotilayotgan, hatto fizik jihat qirg'in qilinayotgan mushu davrda Uyg'ur ulamolari, Uyg'ur olimlar Kur'an'ın, hadisinin ve İslam'ın Uygur halkını kutuldurmuş siyasetini, Uygur halkını kutuldurmuş yolunu, Uygur halkını kutulduruştan ibaret sırat-ı müstakim, meyli manevi, meyli maddi cihetten olsun, bu yolunu demek ki berpa kılanmaptık deyen gap çıktı bizim söhbetimizde. Doğru mu? Şunday, bunu faqatlanma, bay degandek, ben qisqartib, yani aqlanchilik qilyapmiz degandek, faqat ham boshqalar yetakli shularninki yetarlik degandek biz faqat tilovat qilish va va'z nasihat qilish, da'vat qilish, ammo siyosiy jihatdan rasmiy maydonda rahbarlik qilish yo'q. O'rnimizni tamoman bu tasishganda bunga haqiqatan tas shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Allah subhanahu wa ta'ala ya eyyuhal muddassir qum fa anzir va robbaka fakabbir degan bu ya eyyuhal muzammil degan bu oyatlarninki tushish jarayonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari ajoyib, hamda bu uxlash vaqti tugidi hamda deb shunda kechkunduz jafoliq ishlash bilan anadan bu islomiy davlat, nabuvat davlati 13 yil kechkunduz harakat qilishning natijasida meydana keldi. Yani bu abaytından beri deyilgenlerinin içinde biz mi bağmış, geyle mi bağmış, başkalar mı bağmış? Biz bu tabii ki bütün kılatlar işlerimiz, ben birinci ve özüm buluşum, ben bayılgendek özümüzün kemçiliği, dini cihetki yetersizliğimizden oturup cüretlik oturup çıkan mağalığımız ya ki
Her xil sebeplerden. Ve özenmeyin elbette ama Şunun qaraganda, yani sizinki bu gapları qaraganda, yani bir narsa bor demek. Sizning yançuqlarda yoki ilmlarda buningdan keyin Uyg'ur xalqininki diniy siyosiy qismini asli arimasligimiz lozim, ammo mushtaq deyishga majbur bo'laman. Ko'rsatib beradigan bir narsa, bir plan, bir bishorat bor deb o'yladim. To'g'rimi bu? benim izlengen esemde hazırken ben başka karandaşlardan ügünüşke özümüzden karandaşçıdan şimdi yitilgen siyasi rehberlerimizden çıkışını kütüp beşimizin işi tıkıp özümüzden tertimiz boşkulu bir yer çıkıp koyup kalkını aldığının payısı yok da bizim yatağı vaktimizden özde hazırken bu muşiye yetkişe halkımızdan hazır xuddi qotandek qo'ylardek solinib ketmagan holatlargacha turib sayr qilib qolgan. Hozir chiqmagan ekan, endi chiqmasin mayli, endi ular chiqmasin, bo'lsin chiqmayotgan bo'lsa o'zining inshaalloh oldi javob. Endi chiqdi endi. Inshaalloh bu vaqtda bundan narsam bor, dasmirim yermaydi deb bunda deyish loyiq emas, ammo o'zimizning izlangan narsalarimizni kuchimizga yeticha tirishchilik ko'rsatib, foydali talepler bilen ortaklaşımız şunun için bel bağladık inşallah. Yani inşallah, yani o'ttirda davet bor, tabliğ bor. Bugungi kunda media sohasida Facebook, WhatsApp her yerde bir 8-10 o'zini ulamo deb atagan qarindoshlarimizdan bir 8-10'u bor. Uni davet ilib berib o'tadi. Ammo bu yerda bizning talab qilayotganimiz faqat islomning da'vat qismi emas, faqat bugungi bu krizis zamonida Sharq Turkiston xalqini qutuldig'idek darajadagi bir duo, bir tabliğ, bir so'z, bir siyosiy chertyoj, strategiya, islom strategiyasi. Yani sizning da'vatqonlar bumi yoki shu 8-10 qarindoshimiz ilib berayotgan yoki men sizlar boshqalar ilib berayotgan da'vatlar o'xshash bir narsami? Elbette biz bunun fikir aldığı olan fikrimiz cihette yanlış siyaset, İslam siyaseti degan bu hukumunu çöldep buludu ama ahirisi tevhid. Yani tevhidul, bizde tevhidin her kaysi kısmı var ama tevhidul meşru, yani filan birliğe tevhidul strateji hem de bu strateji birliğe degandek nurgun tevhidler mevcut emas. Bizde tevhidni faqatlam bir dogma holatda ma'lum bir doiraning ichidan bog'lab qo'ymiz, shuni ular tugaydi. Tushunchimizda tevhid degan shunday bir nazariy jihatdagi ma'lum Allohni tonishdagi uch tevhiddan boshqa tevhidni tonimaymiz. Amaliyotda shu har qaysi plan baysilgandek tushuntish xaridlarda hammasida o'rtaq, hammalarga o'rtaq bo'lgan o'rtaq tirishchanlikning, ijtihodning natijasida boyman degandek naq maydondan kelgan ko'p odamlarning tirishchanligi bilan bir muassasalashgan bir siyosiy xarit chiqarish sunnaul qaror deb qo'yamiz arabcha, qarorlarni belgilashga yo'l ko'rsatgan bir o'rin, bir organni, muassasani shakllantirish boshdagi ishimiz bizga. Ulamolar, kuchlar hamma narsa badidan boy degandek, ammo şunu şekillendiriş kılış özümüzdeki tonup yetişimizge bağlı. Elbette biz bunu çakırık kılımız hazır aldı bile. Çünkü özümüz yalnız kıyıl olduğun şemez hazır davatımızda. Yani bu sözlerden, yani bütün dünyadaki Uygur dini okuğallarını muşundaq bir muassese, yani bugünkü Şarkı Türkistan halkınınki bugünkü qutuluş yolunu ko'rsatib beradigan dini tarafdagi stratejisini ko'rsatib beradigan bir muassese ciddi qurishimiz lozim yoki shunday bir fikr yaratishimiz lozim demoqchi. Shunda bir to'pni maydonga keltirishga chaqiramiz. Lekin uningga kuchimiz yetsa imkonlashgan maydasini turib, yana turib buni tushunadigan bir olsun, ikki olsun, hozir buni o'ltirib qilib olib oldirmay, keyin chiqimiz desak vaqt hozir bek jiddiy ahvol. Shu mangash qilamiz endi buni Allohning izni bilan kuchimizning yetishicha. Sharq Turkiston ulamolar birligi bormi buning ichida? Elbette Sharq Turkiston ulamolar birligiga bu vaqtda burun men Abdülkim Maksum Ustaz rahimahullah hayat vaqtida azto'la so'zlashgan. Ammo keyingi vaqtlarda halqali paytda meningki nim qilolmasligim, mayli qaytib kelishim mayliga. Yani ondan keyin ahvollarning jiddiy o'zgarishlari nurg'un. O tuyuqsizlik qarindishimiz ustozimizning vafot bo'lishi
Bilen nurg'un ishlar biz o'ylagandek bo'lmagan surilib ketdi. Keyingi qarindoshlarimizni ko'p bilan tanishimiz. Ammo bu hafta taqa ochiq yo'riq nim qilish baxmadik. Ochiq yo'riq so'zlashib o'tirga biz-birimizdan fikr yoki shunda ish to'g'risida bir nimqa suhbatlash baxmadik bunda chiqib ketmadi. Allah razı olsun. Yani Uyghur halkı bugün ihtiyaç bo'layotgan dinning siyosiy qismini maydonga olib chiqish uchun jiddiy bir guruh yoki bir siyosiy muassasa, ya'ni to'g'ri bir Qur'on yo'lini ko'rsatish uchun bundoq bir narsa ilib chiqishni, ya'ni buni plan qildik demoqchisizlar, shunami? Shunday deb Bu tushunsak. Türkmenler Birliğimizdeki alimlerimiz aşında hazırda ihtiyaç, hazırda en mühim olan neyse şu dep karamız hem de kalan petvala, aile, talak, nikah ve onun başka meselelerdeki pul, ticaret, turmuşumuzun münasebet petvala, hükümler ve anlamamız belki siyaset, Allah subhanahu teala yine Kur'an-ı Kerim'de var. Bu doğruda nurgun ayetler bir vasıta geldi. Ve idâ câahum emrun minel emni evil havfi ezâ'u bihi ve lev rudduhu ila rasul diyen bu ayetin ahırda la'alimehu'llezîne yestenbitunehu minhum diyen bir cümle var. İstinbat diyen bu alimlerin kıldığı işi. İstinbat diyen aslında Kitabullah sünnet Resulullah'ın ve Riyal Bayman diyendeki hakikatin nek meydanını tekşirip oturduğunu çıkarılgan tetkikat hulası fikhini ninki kılıç ceryanı istinbat deyimiz. Bu alimlerin hizmetinin vazifesi. Emrun minel havf evil ve idâ câhum emrun minel emni evil havf diyen cümleler bu siyasi mevzu. Bir xatarlik ve havf doğrusundaki akbarat, malumatlar gelgen vaktimizde bunu yaymay, alimlerden onunki kanda muamele kılışını, ulardan soraş, ularınki çıkargan görsetmesi boyunca iş kılışını Kur'an-ı Kerim biraz talim verdi. Ümmet şunun konusunda halkımız şu, ameliyat şunu ve emel kılvatı desek mi oldu? Özü bu ayetlerin bir vasıta gelip emel kılması mı vücudu singen İslam imanı boyunca. Ama biz de onun cevabını alimlerimiz bir iş gerek gününde bu ölümala muşu sahada yanı törüp resmi bir iş kiriş halkının aldı da uç kalı çıksa da yaxşı bulmasa bunun karab durduğu vakit kalmadı lazım. Yani sizinki bu fikrini oturup koyuşları bu muassese yoki bu chiqish yo'li uchun diniy tarafdan yo'l ko'rsatish uchun bundaq bir fikrini oturup koyuşlarınki asosiy maqsad nima endi? Bu asas maksat hazırda nek meydanı bizdeki bir xil turgun halatda bir xil nek ihtiyacımız bo'lgan ahvolda shunda qurbonlar bo'lib ketib borgandir. Shuningga nima sababdan bunun bir sababchisi biz bayılgandek ihtiyacdan yol xaritasini siz zayi oluşun nurgun işler. Bunda bir ahvolda biz bunu ciddi oturup koymasak ve şunundaki bunu alımlarımız bunu şakamızsak bulmayalım da bu yerde davatımız bu gapni inşallah oturup bunun beraber bizden alımlarımızdan aslında Şarkı Türkistan'ın meselesi olarak Şarkı Türkistan'ın alımları kılınırsa başkalarının kılınmaydı bunu. Başka alımlardan Arap ve başka dünyanın adamlarından Arap ustazlardan ya ki başkalarından biz Türkistan meselesine ulardan hüküm fetva sorulsak ular bergen cevaplar doğru gelmeydi bizge. Bunda bu ki bu bizden kılılaşmıyor. Bunun için bu muasseselerin bu neslerin kılışta çokum bir adam olsak, iki adam olsak, üç adam olsak mı şu siyasi sahadaki tetkikat ve emni hareket siyasi yetekçilikle ruhumuzda cari kıldırılan meydanda seklep çıkıda adamlara ihtiyacımız en mühim ihtiyaç hazır. Şu da kargalığımız için bir yerde bunu dağıtım. Allah razı olsun. Yani biz qarindishimiz Shamsiddin Qarag'ı bilan o'tgan qitimliq diniy programmamizda Qur'oni Kerim bilan boshlagan edik. Bugun bu programmani Qur'oni Kerim bilan boshlaymiz deb qilib, ammo texnik jihatdan o'lisholmay qilib hozir biroz keyinga surilib qoldi suhbatning o'tirisiga. Biz bir 3 minut 4 minut Qur'on anglasak, undan keyin so'zimizni davom qilsak bo'ladimi? Ya'ni suhbatimizni Qur'onni bir tinglab, undan keyin suhbatimizni davom qilsak deyman.
Kardeşim Şemsiddin, siz ekranını içiversiniz. O kameranın sürtünü bassanız ekranınız içilidi. Allah razı olsun. İçildi. Allah razı olsun. Biraz üstüge qarab qo'ying. Kichikgina üstüge. Herhalde qarang'uroq ekan o'tgankidan. Hoş geldiniz Şemsiddin Qaracım. Hoş bulduk Alimka. Aleykümselam. Allah razı olsun. Biz her haftalık programımızın takımı rangli kılış için 4 saatlik programma kılımız. Bunun içinde haber ve mülahize, dini sohbet, siyasi sohbet, onundan başka halkımızın medeniyet, sanat, kültür, ilan, hava rayı qatarlıq həmmə nərsini öz içine aldığan bir programma. Onun için bugünkü programma asasen 4 saat davamlaşıdı. Bu dini sohbetten kim biz Adil Hacım kardeşimizdeki ailesinin Şarkı Türkistan'da uçqavatkan zulümlerini anlayımız ve Adil Hacım kardeşimizin çetelde ilip beriyatkan hizmetlerini anlayımız. Hoş. Unda oğanda ben sözünü sizge bersem özlerinde bir Kur'an okuşuk teklif kılımı. Kur'an'dan bir kança ayet anlaydı inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Maşallah, tabarakallah, Allah razı olsun aziz qarindishim. Yana bir qitim bugun qalb tarimizni titretgan bo'ldingiz. İnşallah her zaman Qur'ondan jiroqlashgan, Qur'ondan zerikkan, Qur'ondan yuz o'rgan insonlar bizning ichimizdan chiqmasinki, buningdan keyin biz Uyg'urlar texim yaqinlashishimiz Qur'onga. Qur'on Allohning so'zi. Qur'on vasitasi bilan Allohga yaqinlashishimiz. Qur'onni her zaman anglab turamiz. Qur'ondan balkim millat zerikmagan bo'lishi mumkin, ammo hozirgi real hayotimizga, kayfiyatimizga qarasak, chet elda Qur'onni tashlab qo'ygan kayfiyatni ko'ryapmiz. Buning uchun bizning studiyamiz, ikronimiz Allohga yaqinlashadigan bir ikron. Alloh bilan do'st bo'ladigan bir ikron. Buning vasita bo'ladigan bir ikron. Shuning uchun her zaman Alloh nasib qilsa sizga o'xshagan, sizdek go'zal ovozliq Qur'on hafizlarini ikronimizga taklif qilib, xalqimiz qanday o'ylasin, biz Qur'ondan iborat bu haqiqatni xalqimizga, qarindoshlarimizga tanitish uchun, yaqinlashtirish uchun, do'st qilish uchun tirishimiz aziz qarindishim Shamsiddin. Sizning to'ringiz herhalde yaxshi bo'lmaganlik uchun biroz ovozda masala bor, ammo yaxshi anglandi. Ovozingizniki buningdan keyin qimmatroq to'rilib pishiltin inshaalloh. Menga o'xshash.
Bu da qitimga inşallah taqim yaxshi bir to'ri bilan güzel ovozingizni anglayli. Allah nasip etsa jaronliq ovozingizni xalqimiz anglab tursin. O'tgan qitim inkos keldi menga qarindishimizning ovozidan haqiqatan mast olduk, sarxosh olduk deb. Qur'onni güzel angltanmaganligimiz uchun xalqimiz biroz jaroroq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, ammo bugun Yahya Qarajimning ekranga kelishimizdagi maqsadlarning birisi muhim. Ve bundan keyin Sharq Turkiston ulamolar birligidagi bir qism ulamolarni ekranga kelimiz. Yenidan bir dinni tonib chiqaylikki, din asli yangi emas, burundan bar edi orijinal dinimiz. Biz dinimizni yaxshi ta'riflab berolmay qoldik. Yaxshi so'zlab berolmagan bo'lishimiz mumkin. Xalqimiz qaytadan bir Qur'onga, Allohga, dinimizga yaqinlashaylikki, bizni qutqazguvchi Alloh. Biz bu e'tiqoddan qat'iy voz kechmaymiz. Bizni qutuldirdigan Amerika, G'arb dunyosi, Turkiya u bu deyemaymiz. Bizning dinimiz unda buyurmaydi. Faqatla sababini qilamiz, imzo to'playmiz, siyosiy harakat qilamiz, namoyish qilamiz. Ammo bizni qutqizildigini faqat va faqat la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'qki, bizni qutuldiradigan. Men vaqtni olmay so'zni Yahya Qarajim berishdan burun sizningki bir so'z deydigan so'zingiz bo'lsa olaman. Undan keyin sizni uzitib qo'ymay yoki ekranimizda o'ltiraversangiz bo'ldi. Yani. Yacımki Allah razı olsun. Benim başka kitim yok. Nayet yaxşı epber otla. Sizin degendek to'g'ri dinimiz endi albatta bu yangilik ketmaydi. Chunki dinimiz bor. Bizda masalan ba'zan tushunmay o'zingizga tushunib ba'zan tashlab endi kelqa ishlar bo'lgan. Yaxshi xizmatlarni qilyaptilar. Bek mamnunman. Ben çıkarmışsınız kayıtlarında Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başka sözüm yok. Allah'a selam. Allah sizden razı olsun. Bütün dünyadaki talip qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Ularning mu bir kishilik assi qo'shyapti-da, shunda bo'lsa ma ishimiz bek chataq hozircha. İşimiz intayin chataq. Xitoy bizni qirib etmoqchi hozircha. Shunga bütün dünyadaki taliplerimizning, bütün dünyadaki ulamolarımızın ko'zini içip 8 saatlik uykusunu 4 saatga tushirishini, 4 saatlik uykusunu 2 saatga tushirishini, kecha kunduz tirishib mayli dinimizning siyosiy jihatda bo'lsin, ijtimoiy jihatda bo'lsin, ma dinimizni qaytadan qo'lga olishini umid qilaman shaxsan. Unda bo'lsa sizni uzitib qo'ymay, agar boshqa so'zingiz tugagan bo'lsa, so'zni Yahya Qarajimga beramiz. Allah ilminizin taqim ziyada qilsin. Amin, amin. Amin. Yahya Qarajim söz sizlarda bizning so'zlarimizda bir xatolik bo'lib o'tamdi, albatta sizlar buningki din o'qigan bir kishi bo'lish sifatlari bilan xatosini tuzaylar, to'g'risini deymiz bu o'rinda. Yani Kardeşimiz Allah razı olsun. Şemsiddin kardeşimizin ayette yaxşı falan tilavet okudu. Devamlık biz akli cihette kitapların aklımızını uzuklandığı vaxtimizde kalbimizni uzuklandırış. Yani kitabullah bilen burada Allah'ın zikriyle. Yine arzili ve Allah'ın zikri fe inne lehu maişeten danka diye ayet geldiğindeki zikirden Kur'an-ı Kerim. Allah rahmet etsin, kardeşimizden Allah razı olsun. Hem de miniki kifim kessem biz ulemalarımızın ama şu kılıdığı işlerimiz mavzuyumuz nemiş kılsak nereden başlayımız bu siyasi İslam dininin siyasetini degende usulü siyaset şeriat siyasetinin yıldız asası metodunu ügeniş kılış alanlarımızga şu bu cihette metod olmasa yani metod degende usul tahsil-i şer'i kılıp metodlarını oturup çıkarışımız lazım. Alimlerimiz usullarını oturup çıkaran metodlarını biz usulü fikrdeyimiz, usulü tefsirdeyimiz, usulü hadisteyimiz, usul bunurgun metodlar oturup çıkarılır. Bu metodların içinde şeriat siyasetindeki usulü siyaset şer'iye degen bir metodlu meydanda bu cihette boşluk var. Nayet kembegal yoki yok emas ama kim bek nime?
bu resmi bir bizga açıklayımız bardaki emas. Belki bu nimimizde Uygurlarning hozirgi nimimizga nisbatan ciddi bu tutuşkumuz olmaydı. Ahir böyle bizga yük yani bizga kelganligim aniq. Bu sahada Kur'an-ı Kerim bay o'qilgan oyatda kelgandek har sahaning odamlari Qur'on oyatning o'zida Alloh taolo oyatning o'zida kullu firqatin minhum taifatun degan har firqadan ularning ichidan bo'lgan har guruhdan har qaysi sohadan bir qism odamlar ajratilishi liyatafaqahu fid din dinni tadqiqot qilish uchun kavmni ogohlantirish va yunziru qavmahum iza raja'u ilayhim ya'ni murojaat qilib qavmlarga murojaat qilganda qaytganda ularninki yo'llarini sizib manda mansang bo'ladi ma yo'l xatarlik ma o'ma ta'til deb berish shuni shundoq ziyolilar deb qo'ymiz ham hozir ya'ni boshqa dunyolik bilimlarda yetilganlar va kitoblar sunnat rasulullohning bilimlarida yetilganlar buni tarkib topgan bo'lsa bir o'rtaq chunki dunyolik bilimlarda yetilganlar bizga dunyolik jihatdagi bizningki alohida biz hozir uni o'zimiz iznib nim qilishga ulgurmaydi hozir unda bo'sh vaqtimiz yo'q shular izlanayotgan ular o'z sohasining ahllari faqat ularninkini biz ular o'zininki zihniyati bilan aqliyati bilan maydonga chiqirdi biz uni islomiy shaklda qabul qilsak va undan foydalansak o'tirda kitoblar sunnat rasulullohninki siyosatini bugungi hozirgi jiddiy holatda bizga yo'l xaritasini sizib chiqishga tamoman mumkinchilik bo'ldi deb qarayman. Bu yo'l xaritasi nima endi? Yo'l xarit birazcık qarindoshlarimiz kichikkin bishorat berib qo'yaylik. Bu yo'l xaritasi Sharq Turkistonni qutuldiradigan yo'l xaritasimi yoki yo'l xaritasi hozir masalan biz qanday holat turadimiz deganda bizningki qarindoshlarimizningki masalan necha vaqtning o'zi an'anaviy yo'q qolgan an'anaviy shaklda bo'lib kelgan millatni qutuldirish uchun biz musulmonlar dunyosiga oq ko'rinish qilgan tayinimiz g'arb dunyosiga tamoman ulardan nimamizni uzib turib muomala qilgan hatto ularni xitoyga o'xshash sanaydigan bir xil kayfiyatda bilan yana bir tarafdan biz unday qilsak bo'lmaydi deyotgan bir nima bor endi bu arab musulmonlar dunyosidagi harakat shu vaqtlarda o'zida bizni unday keltirib chiqarishdiki shuning uchun men bu desam bo'ldi endi uni keltirib shu vaqtda biz shunday ishonchli bo'lishimizga sabab arab dunyosidagi uyg'unish harakati umid qilib cho'ng holatda davomlashayotgan bugungi kunda ularninki yana bir qatam eng oxirgi pallaga yetganda yana bir yiqilib yana qaytadan qo'pmasa kurashishning uzun so'zilganligi naq maydonning amaliy to'pollardir islom dunyosida bizga qarg'uvchilik yo'q holatda unda bo'lgan ekan biz endi xalqimiz buni bilan birga xalqimizning jiddiy holatda qirg'inchilik uchrayotgan bu ikki tarafni o'tirib biz hozir binasiga uzun saqlab qarab turib islom dunyosida yana bir narsaga nim bo'lsin deydigan ahvol emas shu g'arb dunyosidagi shu bugungi kunda uyg'ur musulmonlarning jiddiy holatini g'arb dunyosi adab ma'lum jihatda bunga nim qilyotdi harakatlarni bo'lyotdi o'tirda lekin bu harakatlarninki ikki xil yo'nalishda hozir hammamiz bilamiz uni biz bu yerda siliqlayman cho'nglayman deb bo'lsak vaqt uni jiddiy oldik mustaqillik masalasi hozir ochiq oshkora tashkilot shaklida o'tirib chiqdi uning oldida mustaqillik demay deyish hozir bizga xalqaro rasmiy shaklda bu mustaqillikni desak xalqaro qabul qilmaydi hatto qabul qilmalar amaliyotda deyolmayotgan hozirgi ishda u rasmiylashmaydi mustaqillik degan gapni qilish ammo rasmiylashishga imkoniyatlar yuchuqlar ichilyapti rasmiylashishi mumkin agar biz uni qilsak dunyo bunga ehtiyojli bir huzur maydonchi bunda bir siyosiy ko'rinishda siyosiy jihatdagi bunday bir sharoitda biz bunga to'g'ri muomilada ya'ni ergashguchilik shaklda emas bunga yetakchilik qilish shaklda diniy ahlilarimiz buni xarisini hozir qanday muomala qilamiz bu narsaga islom hukm bo'yicha degan savolga javob chiqdi bu xarita
Yol şunundan çıkadı. Bunun kandaca kayıtsız şekilde muamele bulundu bununla. Buna devamlı karşında resmi şekilde halkının siyasi emini kötemge halatda aslında özümüzdeki işimizge şu tutup mehbi deyilgan haritimizni sızmaytırıp yoki harit kallımızda şu bedmanımız var yoki uçuq bir oturda halk bilan ortaklaşgan vaqt kelsa halkımız bizni tushundigan. Çünkü halkning siyasi emini ko'tarib turib bizning siyasi yetakchilar bilan halkning siyasi emini o'rtasida farq bak yuqori olib ketmagan holatda ma'murga vaqtida bu tarixdagi xatolik ya'ni takrorlanib vaqt kelganda ustidagi bir qism avangardlar qurbon bo'lib ketsa shuning bilan u qaytadan xalq nima bo'lganini uqmaydigan hikoyaga aylanib qolgan chiqadi. Bu hozirgi buning nimasini Turkiyaning masalan mushqatam Türk xalqininki siyosiy emini yuqori bo'lganligi hukumatninki cho'ng nimasini cho'ng bir bosqichdan salomat o'tishida asos rol o'ynaydi deyamiz. Agar Misrda unda bo'lmadi, xalqning siyosiy emini to'g'ri bo'lganligi muhim sabablardan birisi, ham sabab bo'lmoqda. İnqilobda xalq tarafından mag'lub bo'lib tugildi oxirida. Demek ki bunun o'xshash bizning harakatimiz oldimizda zil bir bosqichda hozir turibdi. Biz mayli uni biz ulamolarimiz, diniy sohadagi kishilar unga qaysi shaklda qatnashsin, bu oldimizda reallik, ma'miz oldimizda xalq men o'tirib ko'rash bo'ladi. Uyg'ur xalqining uchun harakat dunyo sharoit hozirlab imkoniyatni g'arb dunyosiningki o'z ichidagi Xitoy va bu rayondagi ichki ziddiyatlardan biz hozir fursat chiqyapti. O'sha holatda bizni xarita deganimizda shuningki yo'lini din islomdagi ko'rsatmasini siratul mustaqimni ihdina siratul mustaqim deb namozni duo tilabdan qo'ymay amaliy harakatga tavhidni naq maydonda ko'rsatishimizga g'ayril mag'dubi alayhim va dallin bu kategoriyalarni qaysi bizning haqiqiy oxirgacha bizga asqatadi, kim asqatmaydi, kim vaqtlar, kim qanday وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم degandek düşmanların türlerini Allah Teala şunda roşan gösterdi ularni bekitib dostlarımızdaki türlerine ularga muamele qilish diplomat aloqa va boshqa aloqa vositalarida hammasining nimasini biz bunga rasmiy mas'ullarni quruq nazariyani chiqib qo'yamiz. Mas'ul xizmat qilgan odamlar tashkilot shaklida o'tirib qatnashishimiz har qaysi tashkilotlarga olimlarimiz buni ular talab qilyapti deb aytamiz degandek bizda hamma tashkilot hozir diniy ahlimlarni balkim ular bizni xalq shuni diniy ahlimlarga xalq diniy ahlimlar bo'lsin degan maqsadda talab qilsin yoki rasmiy siyosiy jihatda biz bilan bir sept bo'lsin deb talab qilsin yoki diniy jihatini yetaklasin degan gap og'zida davatgan gap rasmiy samimiy bo'lsin hammasi zodi biz bo'lmasak bo'lmaydi o'tirda bu tarixdan buyon siyosatga uch buloq deb qo'yamiz musallasun fi siyosat siyosatga uch buloqda bu tarixda mayli u haq bir jamoat haq egisi bo'lganlarniki bir siyosiy qurilma tuzilmada bo'lsin nizomda bo'lsin hokimiyatda bo'lsin yoki batıl bir nesli bo'lsin bu üç taraf mevcut. Birisi dini rahbar, yani birisi hakimiyet beşideki kuchli egalari, yani birisi onun etrafındaki haşiyeler koymuş Arapça onunki ergeç küçük bo'lgan asosli qo'llovchilari. Allah razı olsun, ben gaplarım işaret kesimi. Qarindishim Adil hacım nima ishkironga taklif ekeldim. Adil hacım ovozimni anglatamla. Sizningki nimalar taqilib qolibdi mikrofonlari, telefonni sizlar bir yerga muqimlashtirib qo'ysizlar. Muqimlashtirib qo'yib, o'zlariga hozir yaxshi to'g'rilandi o'zlariga. Bu mikrofonni besivasizlar, telefonning ustida mikrofon bor, shu ekronni bossizlar, mikrofonning surati chiqadi. Shuni bossizlar, sizning ovozlar anglandi. Bizning ovozni anglayotgan bo'lsa, nimaga, endi ichildi oldi, gapib baqsizlar. Va alaykum assalom, ovozini angladik. Yahya Qarajimning so'zi tugaganda men sizlarga so'z beraman. Sizlar hozir shu telefonni bir yerga to'g'rilab, qo'llarda tutmasizlar telefonni. Bir yerga qo'yib tursizlar, bir yerga nim qiysizlar. Qarajim sizlar so'zlarini davom qilaverasizlar, kechursizlar, so'zlarini nim qilib qoldim.
sözüm inşallah davamlaştırsam sözümle. Bu ülümalarımız, ehlimlerimiz bilen şu timida bizge bir yol gösterip başlamçılık kılıp her kaysi teşkilatlardaki rolünü canlılık cari kıldıysa şu iki hazırki müstakillik davagarlar boğan cemaat teşkilat olsun yoki başka müstakillik bu bizning hozirgi birinchi bosqichimizda emas, keyingi bosqichda hozirgi huquq davosi, inson huquqi bo'yicha huquqimizni olgandan keyin davlatgan guruhdagi jamoat tashkilotlari bo'lsin, aktiv harakat qilsa, siyosiy jihatga bularning har qaysi masalalarning hukmlarini talashtash emas, birlik kelgan bir xil hukmlar kichik cho'ng masalalarda şeriat dinimiz yol yo'riqlarini vaqtida yetkazib bu tashkilotlarga rasmiy haqiqiy bir yetakchilik diniy jihatdan islom bo'yicha yetakchilik rolini joriy qildisa, vatandaşlar vaqtida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning varisi degan faqat da'vatchilik tashviqotdagi varisi yoki faqat fatva sud hükümlerdeki varisi bokamasdan haqiqiy tevhid-ül uluhiyet tevhidinin ki asas umurtası olan hakimiyet siyasetde mi vaqtida aldıda varislik varislik qilish emirleşken bo'ldi. Bunga chaqiramiz endi va biz mening ilmim bu sohadagi nimasam ko'plak Baydegandek her kançı çok bilim zokesimi yalnız şekilde bulmaydı. Nurgun hizmetler, nurgun ademlerine ihtiyacdır. İslam dünyası mesela, İslam dünyası hazır bu cihet bizim Şarkı Türkistan meselesiga aralashıp bunun da günah bizde mi oludu mu yani? Bugün İslam dünyasına hiç qanday bir avaz çıkmadı bunun. Garip dünyası qaraganda İslam dünyasında hiç narsa yok. İslam dünyası da çok umumen İslam dünyasındaki hükümetler bilen halkın ayrım karışımız var. Hükümetlerin meclisinde ular bildi onu. Mesela uların nurgoçlarının xavri var ama uların hükümetler özünki işki nimeleri bilen bizden hatta biz emas özünün halkının ahvali bilen mi nimesi yok. Köpünç hükümetlerinin çatığı yok. Fakat özünki şahsi aile köpünç devletlerin kurulması aile devletleri var ortada. Şunun için İslam dünyasındaki Müslüman ellerindeki karakterine düşünüşmü bir ayrım siyaset ki bizim mavzuyumuz Meydan'ın düşünüşte adır. Nurgun ülümalarımızdan bu ziyarette ortaklaşık doğru geldi. Bununla hiç kandaylıkı nimin kılmasın, müressel kılmasın meselene oturup koyuşumuz. Yani aldığı devletlerin karakterini bekitişimiz la ilahe illallah. Bununla kandan muhammedde ikinci katımız mesele. Yani bu nesli oturup koyup boğucu sen bununla yaman kaldığını deplam muamelini şunu bekitiyordugan evvel var oturda Muhammed Resulullah la ilahe illallah mahiyetine Muhammed Resulullah keyfiyetini belirleyeceğim bir kaide var. Bu kaidenin düşünülmü geçken o onca zaten. Allah'ınki dini boyunca bu devletlerin düşünüş gerek ama halkınki umumizlik halkka biz bilen ortaklığı iyi halklarınki. Nurgun Müslümanlardaki halklar zulüm uçradı da zulüm uçurganlarının derdini düşünelim. Bunlara anlatmazlık, anlatışına mesela garip dünyasında boğan Hristiyanlıkların azrak bir kısmı bolsa İslam dünyasında bu güçlük tesir kozgaydığı şilmeme hatta şu Norveç'te Oslo'da qarindoshlarimiz yaşlar şu tonuşturuş yaptırıp ko'chada bizdeki zulüm uçurgan suratlarni yeyip nimtigan meydan tutdim ben birden. Şu vaqtning o'zida şu qarindoshlarımızın digini bo'yicha tajribasi bo'yicha Müslümanların nurgullar yaşadığını ötüyotganda bunda işlerin bulayotganının xabari yok ekanligini ba'zidan achchig'i kelib ketaylik ashadi Qur'on bizning o'ltirilgani yoki zulm uçurgan narsani bekrek Qur'onning ko'ydirilgan dastililayotgan chipilayotgan rasmlarni ko'rib achchig'i kelib ketaylik shu naq maydonimizda bu nari bo'layotgan ishlar biz bilmaymiz buni sen nima ish qilibsan masjidimga baloniyat mening masjidim bor baloniyat tutsa nima ish qilsa demaysizlar buni chiqyapti.
degan ishlar bo'ldi. Men bundan keyin shu qarindishimiz o'zi Nijat qarindishimizning gapini anglagan bo'ldim. Bundan keyin bularni tonishtirish zarur deb qoldim deb degan bo'ldi. Shuning o'zim biz shuni ifodalayotgan arab musulmon ellarda maxsus shayxlar masalan ba'zi bir ustozlar o'z shaxsiy shaklda tanishtirib baqqan bo'ldi Turkistonda. Ammo ular yetkazgan ma'lumotlarni aytdi, ozuqachilar ular o'zining izlanishlarni torlardan u yerdan izlagan narsalarni yetkazgan narsalar ya'ni yetarli bo'lmadi. Xalqni bir nima keltirib kerak. Bu buni cho'ng fursat bo'lgan Suriyada Xitoyningki bu Suriyaga karşı Birleşken Devletler işlerden aralışıyla veto verip Rusya bilen bu Xitay veto karşı tuğa vaktin özüyle Birleşken Devletler işlerden. Suriye halkı bu Xitay karşı şuarlarını naiti to'lab bilmez kılgan oldu ama keyin Rusya bilan çıkıp oturga uruş kirgen bo'lsa Xitay unutib ketdi yani. Müşte fırsatlarda bizimki nahmeydan muhbirlerimiz mesela teşvikatçılarımız aşı halkının aşı kozgula açıp kelgen vaktin oldu nahmeydan kelip mesela Uygurlarning qo'misi va Arablarning o'zidan texmi buni jonliq yeyib jamiyatga Arabcha va Uygurlarga mumkin boshqa tillarda qilsa u vaqtda texmi bu Arablarning tonishi Uyg'ur musulmonlarga ashuda musulmonlarningki bularga yana fikrimiz yani bu Uyg'ur musulmonlarning qaziyasi bilan bütün İslam ümmetining qaziyasining o'rtasidagi bog'lanishlikni yaxshi biz tushuntirib berishimiz kerak. Yani hazır kılavatkan İslami hareketimizde yani İslam dünyasına kılavatkan hizmetimiz bizimki yani 4 minut vaktimiz var Yahya Karacım. Nait kemçil bolatıdı demekçisiler şuna mı? Yani sizinki oturup çıkadığın meselelerde mesela cemaatçilik olsun meyli bir muassese planlık bir İslam'ınki orijinal İslam'ını tanıtış meselelerde olsun. Bunun bir amalı var mı? Yani bunun da bir planları var mı? İslam dünyasına tanıtış meselesi. Planım var diyemem ama Nahmeydan'ın boşluğunu nimiş kılırsak kırıl olduğu imkaniyetlerini düşünüyorum de plan tüzsek plan kılsak imkanlaşsak plan tüzüp oturda birlikte kılışkı mümkün olduğun tamamen imkaniyetler var. Nurgun ustazlar, nurgun şeyhler, nurgun bu nimelerge mesela devletlerinin her bir devletninki halkının vekili süptüde muarazı da koymaz Arapçada o hükümetke karşı siyasi cihetten hareket kılıvatkan devletninki her bir devletin açta kişiler var. Bunların bir kısmı Avrupa'da. Biz onlarla bir vasıta alakalı, bir vasıta onlarla tanışıp bizning meselemiz bilan Bayman degandek Sharq Turkiston meselesinin İslam ümmetiga dike tutgan o'rnini biz tanıştırib olmayapmiz. Shuni deb beramaganki ularni faqat tanıştıriblar. Bunda bir javobini biz xuddi bizni ularlik bizning meselemizde qo'shimcha yoki bo'lmasa o'zining ishi bilan munosabat yo'qdek bizni ish chaqirgan bir xil kayfiyatda tanıştırış bo'ladi ama Türkistan meselesi ameliyatda Palestin ve Suriye ve başka Afganistan meselelerinden hemmesininki negizi ve hemmesininki aşkıcı bo'lib qoldidir. Bu mesele aşkıcı bo'lib qoldi deganimiz hozir aşkıcı bo'lib qolganligini isboti nima desa bütün dünyadaki kuchning birinchisi bo'lib Xitoyning o'zi birinchisi bo'lish uchun dunyodagi kuchning birinchisi bo'lish uchun bu islom dunyosini changalga olish kerak. Bununla hakikaten onunla asaslarını tikleyen Xitay. Bu xeyli uzun o'zi tikleyen. Afrika'da mesela Afrika devletlerinde iqtisodiy bazı tikler atqanlığı bunun oturdu Afrika'daki bu narsa bilan Xitoyning o'tirisi coğrafiyada kim var, qaysi devletler var? Mushtarak xarita qarasa qoldi. Bu shuning o'zida bütün Arab devletindeki bütün hareketlarninki mag'lub bo'lish yoki buningdagi eng xatarlik ahvolga, xuddi Uyg'ur xalqining beşgan qirg'inchilikninki Xitoyninki aqsda rol o'ynaydiganligini va hozir rol o'ynayotganligini hatto. Buni biz fakit bilan isbotlab bera olamiz. Arab xalqi buni deb bersak vaqtida odamlar to'xtab turib bu yolg'iz bu mening qarindishimga qutuldirish ish emas ekan, bu mening ko'rishimniki mening o'zimni qutuldirish ekan bu deb tushuna oladi vaqtida. Elbette. Allah razı olsun. Ama qarindishimiz Adil Hacım saqlatıdı. Sizlar bilan 1 saatlik programımız müşahede ayaqlaşıdı.
yana bir qatimliq programmada rasmiy amaliy temalarni deyishimiz, ya'ni biz Uyg'ur xalqining diniy chiqish yo'lini qaysi shaklda, ya'ni hayotiy chiqish yo'lini qaysi shaklda ko'rsatib beramiz degan temalar ustida sizlar bilan davomli ikkilamga kelamiz inshaalloh. Oxirida qarindoshlarga deb qo'yadigan so'zlar bo'lsa olay va sizlarni uzitib qo'yib. Oldu kardeşler namısına Allah razı olsun, sıldım Allah razı olsun, emimizden Allah razı olsun, işlerimiz Allah muvaffakiyet versin. Allah subhanahu teala bizim hatalıklarımız, fikri de her xil nimelerimiz buluş gerek. Ben burada ikramda bir vasıta nimtip bakmağın tünce katım çıkışım. Kardeşlerin tenkidi fikrini kabul kılımız ve tüzüşünü talep kılımız. Köreş hazır, bisimiz kaydaydıgan ya ki emir kılınıkan kütüp durduğu vakit demez. Ciddi ahval. Bütün her kandak bizge verilgan ilmi diye atalgına astığı kirgan şekilde bizge tenkidi ve yetekçilik, nasihat her kandak neyse olsa bunun iltimas kılıp kütümüz, hatta kabul kılıp kütüp emas talep kılımız. Allah razı olsun. Ülemalarımızdan, ustazlarımızdan, halkımızdan, analarımızdan, hemşehrilerimizden hemimizden. Allah razı olsun. Rahmet. Bunda olsa inşallah yana bir qatimliq diniy programmamizda ko'rishgacha aman bo'lsa, sizlarni uzitib qo'yib, Adil Hacim qarindishimizning bir dardini, so'zini anglab boqayli. İnşallah Allohga emanet. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullahi va Sizlar barakatuh. o'zlari o'chirib asli bo'ladi inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qarindishim Adil Hacim, ikramimiz xush keldingiz. Sizning yan mikrofoningiz yetilib qopti. Abay basgan mikrofonning surtini bir besib o'ting. Ovozingiz kelinmadi miyaga. Assalomu alaykum, salomat Hamdullah. Yaxshi, alhamdulillah, hozir yaxshi keldi. Sizlar shu boshlardagi lampani to'sab turib gap qilsizlar bo'g'idek. Biroz pastda o'tirish ehtimollari yo'qmi sizlarning? Sal past nim qilsizlar, pastroq tursizlar. Yoki ustiroq qarasizlar telefonni. Sal ustiga qarasizlar bo'ldi. Pek jiqma emas. Buzmıslar, hazır holatni buzmıslar. Hazır holatni buzmay, shu lampani to'sab o'ttasizlar bo'ldi keyinlardagi. Chunki lampaning nuri tushirilib, mush holatda o'ttasizlar bo'ldi, mush biti. Hozir yaxshi. Xo'sh, o'zlarini qisqacha bir toninglar, undan keyin sizlarningki so'zlarini anglaylar inshaalloh. Yarim soat vaqtimiz bor. Xo'sh. Assalomu alaykum. Mening ismim Adil Abduqodir, Sharq Turkistondan, Sharq Turkistonning Xotan shahridan. Xo'sh. Sizlarningki nimalarni jiq angladik. İstanbulda bir imzo kompaniyasi boshlatganliklarini bilma. Oilalarninki vatanda Xitoyninki zulmida qolganliklarini angladik. Buni tordan anglatamiz. Bugungi vaqtimiz yetmaydi. Sizlar bilan ayrim yana bir qatim nimada Ömer Beg, sizlar Abdurahmon Hasan 3 qarindishimiz bilan oldimizdagi kunlarda yana bir programma qilamiz. U orliqcha sizlarningki ba'zi yani sizlarning oilalarining ahvolini sizlar yana bir qatim anglaylar. Vatandagi oila. Aldı bilen sizlarga o'xshash shu mazlum ummatning ovozini, shu insoniyatga anlatib, mazlum tarafda turib zolimga qarshi bu tashviqot vositalarida shug'ullanib kelganliklar uchun Allohning sizlarning gunohlarini mag'firat qilishini, Alloh qabul qilgan amallarining natijasini jannat bilan natijalab berishiga duo qilamiz o'zlariga birodar. Alloh sizdan rozi bo'lsin, sizdan pek mamnunmiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Endi bu tarixni so'zlab kelsak, bizning Sharq Turkistonlik Uyg'ur millatlari hammasi biladi. Bu zulüm bir düşündürüş hacetsiz bir ahvalda bulavatıdır bizim hayatımızda. Hem de ben şu Şarkı Türkistan'da Çin hükümetininki şu ırkı kırgınçılık yapağın şu 35 milyon Şarkı Türkistanlık Uygur milletininki bir zulümge uçurgan bir tal şahs de men üzerindeki şahsi ahvalini bayan qilib o'tay. Xo'sh. Şahsi hayotini bayan qilib o'tay. Endi hozir bizning mamlakatda Xitoy besib olgan Sharq Turkistonda bir
Uygur milletiga nispeten bir cezalaşta bir kanun tertip yok. Kanun tertip. Kanuni tertip mevcut emas. Fakat cezalaşla mevcut, kanuni tertip mevcut emas bir şerait yaşavatımız hazır. Yurttaki qarindaşlarımız şu xil bir halat yaşavatıdı. Onu hemmeyle belirtmez. Şunun tüpeyledin, benim Türkiye'ye 2017 yılı 3. ayda ayalım bilen çıkan ben. Bunun kıskıcı bayanda ayalımın koskodu battı. Yurtta 2'den artık perzenti köse çekliydi bizim Xitayla. Şunun bilen benim 4 balam var. Yurtta 4 balam var. Bu 4 balamның ikisine kanunluk, birisine koş güzel aldırıp, birisiga cerimani төлep degендek bir 4 balamni saqlap qalgan neçilni yanqısı. İqtisadi ahvalim yaxşı, ticaretçi, ba'zi bir işlini 100 tanlap euro pulunun gücü bilen hal ötep ketken ballarımның işlerini. Endi ahırda biz Xotandan Ürümchiga köçep zimin elip, şu balam ayalımның koskudagi koskuyuğuna qalsa, balını bulup ukulur öldürüyordu bunu hemmeni bilesizler. Ürümchiga chiqib bir mezgil o yerda tutup ayalımның kosku yoğunugandan keyin yani o yerdeki şu mahalle başquruş komiteti degендek bir atalmış bizge mesul olup algandan ki ayalımның koskunun yoğunuğunu körep qalsa ukulur balını öldürüyordu. Bunundan en serdi. Bunundan başka pasportunu tatip aldırgan gepli çıktı. Emmeylerden haberi var. 200.000 koy, 100.000 koy alanmagan pasportunu oylamaganda bir buyruk geldi deplan 200 koydun umumyüzlük yer, şehir hemmeylerden pasport verdi. O arada bir suikast dep bildik. Tayland'dan kaçak yoldan akıl kubul olmagan halatda nurgun qarindaşlarımız Çetelge, Türkiye'ye geldi. Hoş sizlar şu nimeni umumi ahvalini demişler çünkü bugün vaktimiz kısa emas mı? Özlerinin ahvalini bileyle biz halkımız bir tonup çıksın sizin aile. Tamam. Umumi ahvalini demişler hazır Şarkı Türkistan halkının uçqavatkan bu zulümni biz dep tügütüp olamayız hazır. Şu sınırını tonuyla sınırınki ailenin işini. Tamam. Şunun bilen şu zulümge uçurgucu mezlum xalqning birisi men. Mening ailemde 2017 3. ayda çıktım. Men çıkkandan keyin ailemde ağır bir zoravallık uçurdu ailem kırgınçılıkka. Şunundan anamdan başlay. Mening 70 yaşında aşkan bir anam battı. Çoğu 8 yaş, kiçigi 4 yaşga kirgen balamni anamga koyap ayalım bilen balını tuğup oskudaki balını Türkiye'de ayalımның urug tuqqanlari Mişada battı. Mişada qop koyap kishkitish maqsadida Türkiye'ye çıkan. Şunu yurtta Türkiye'ye çıkan, haremge vargan yoki chet elga chiqqanlarning hammasini tutib kesib 10 yıl 15 yıldan öy kesib etdi. Şu halatda biz qo'rqab kishkitanmadik. Şu jarayonida benim ailemme qechib qutlanmadi buningdan. Anam 72 yaş kirgan. Ayaldı. Anamni 10 yıl öyküsü etti. Sebebi nevirler onun sürtünü oğlanğa evet bize Türkiye'ye ya ki sen dindar ailesiyken namaz okuyusuyken degendek muşu bir sebeple bilen baydap öttüm bir kanuni tertip yok bizden hazır memlekette. Uygur milletiga öyküsü cezalaşta bir kanuni tertip yok. 10 yıl öyküsü etti. Ondan başka Akamga 5-20 yıl öyküsü etti. Yengemni yana sulu etti. Bu böyle terbiyeleş merkezi degen bir yerge. Onundan keyin bir tal singlim batı Keselcan. Bu singlimni şu so'roq qilish jarayonida o'ltirib etdi bular. O'lib qoldi, o'lgan xabari bizga yetdi. Bu musibatga Allohdan bu musibatning o'rniga savob talab qilib sabr qilib o'tdik, faqat amalimiz bo'lmadi. Aqidin benim ilgirki bir ayalım battı. İlgirki ayalımga 20 yıl öyküsü etti Xitaylar. 20 yıl öyküsü etti. Bu ayalımga münasebetli 40 adamga öyküsü geldi. Bu 40 adam hatta ki bu 40 adamның ba'zisi mush tasavvuf aqidasiga yaqin adamlar. Şu meyit chiqqan uyda ketisi bir vazifa qo'ygan meyitni yutgan, Kur'an tamam qıtqandek, şunda faaliyatli bilen şug'ullandı degende 40 adamni bir mahalleden
Xotay vilayetininki binakarlık şirketi degan bir idoraning bir qo'rovning ichidan 40 tane odamga uy kesibdi. Shuning ichida mening ilgirki ayolimmi bor 20 yil uy kesibdi buningga. Endi buningga bardoshlik berolmay tursak, endi mening cho'ngi 8 yosh, kichigi 4 yosh kirgan 4 tane balam onamni endi qolgan. Ailede singlimni o'ltiryapti, onamni kesibdi, ilgirki ayolimni kesibdi, akamni, yengemni hiçbir urug' tuqqandan hech qanday bir odam qolmadi sirtda. 4 balamni balla turmizga. Buni Darultam deb atadi. Hali men suratga chiqardim buni. Sevgi yaslisi degan bir to'pisini shu tikanliksinda chetallayotgan bir turmuninki şekilde shunda qo'g'dayotgan bir yaslarga ballarimni ekishgetdi, 4 balamni. Endi bir yerde tecelli usta sözler versen bulamdı. Bo'ldi, anglayapman. Xo'sh. 4 balamni eksik etti. Bu jarayonda 4 balamni eksik etti bu jarayonda. Balamni eksik etishninki bir 20 kun oldidagi surat bilan balamni shu balalar turmushga eksik etgandan keyin 20 kundan keyin men bir amalini qilib, bir surutini ekeldim bir yerga. Surutini ekeldim. Undidar orqali. Endi bu suratga qolsam, Aşı 20 gün aldı da sırtlık kampıga ekşikçini ilgirki surat bilen 20 gündün kinki suratte alem şumul bir xil farqni his qildi. Biz anası bilen bunu körüp. Bunun da yüzleri zide, çıraylarga temretki çiketken. Godun echvagandek bir xil holatda valla. Bunu men istiqlaldaki istiqlalda ziyorat qilgan vaqtida men tafsili suratlanmışda birden bir tanlab köküstüp kıldım. Hazır bu varaqçılını köküstüp miyade ama telefon kichik bo'lgandikan qolaysız bo'lib qoldi. Kelaqatim inşallah. Biz sizlar bilan vaqtimiz biroz zijob qolib qoldi. Buni kelar qaytimliq nimada bütün sizning to'plagan materiallarni men ekranga chiqaraman. Inşallah shu qaytimdan yo'llab bersizlar. Tamam. Şuna materiallarni kelaqatim sizlarga men tafsili bir cho'ngroq ekranda paranglashgan vaqtimni ziyorat qilgan vaqtlarda tafsili ta'minlaysizmi? Bo'ladi. Yoki men undidarlarga mushu degan gapimni isbotlab bergan to'liq materiallar bor. Xo'sh. Ballarimning nupus, anam, ayolim, qizim, singlim o'lib ketgan. Boshqa yangilarimning hammasining ism, familiyasi, salohiyat guvohnomasi, pasport, adresdan tortib, ballarimni akirib olgan kompyuterni tortib hammasining tafsili nimasini men sizlarga ta'minlay. Xo'sh, bo'ladi inşallah. Şu jarayonda 4 tane balamның sürtünü kördük. Bir yerde ballarım şunda bir çok özgürlük olap kaldı bir yerde. İlgirki ekirgetke vakti bilen. 20 günden keyinki suratda. Bu suratni ayolım kürep şu gündün tatip yig'lash, şu dua qilish, kechisi mush uxlamay mushunda bir xil faoliyatlar bilan ayolimning psixikasida masala ko'rildi. Qabul qilinmadi bu ballarimninki 20 kundan keyinki suratini ko'rib bunu qabul qilinmadi. Nəhayət ağır dərəcədə özgürləş var. Bu xil holatda kunlarimiz o'tdi hozirgacha. Bu musibat pasligini yo'q. Yurtimizda bu irqiy qirg'inchilik davom etyapti. Nurg'un namoyishlarga chiqdik, nurg'un shikoyatlarni qildik. Bu kommunistlarninki bu harakatlari kuchaydi, to'xtab qolmadi. Bu yerda men nimani his qildim? Oyladım birader, müşahede tecelli ustaz bir nersini qilay gapimni dey. Xo'sh. Uzurab ketdim. Esledim mening ballarimni qo'g'dash mas'uliyatim ondan yetilmabdi ekan mening kallamda. Aslida her ümmet müşahede biz komünistliğe qarshi turgandek, men yurtimda mushu 4 balamni, onamni barliq imkoniyati bilan qo'g'dab, shu zolimga ashada qarshi turib, mazlum sifatida nima kun ko'rgan bo'lsam, erzikkan Allah mush ko'rgan kunimni qiyomatda katta bir natijalar berishi mumkin ekan. Men ballarimni qo'g'dash mas'uliyatimni to'liq ado qilolmabdim. Asli shu maydonda qo'g'dashim kerak ya degandek bir o'zimni mas'uliyatim bor. Bu ishda mening og'ir degandek ayıpladim. Bu o'zimning shaxsiy fikri. Chunki musibat insonning kallasini har xil ashunda qaydirib to'g'ri bir fikr qilolmaslik holatga ekib qo'ygan. Ya fikriniz to'g'ri aslında. Benim ailemning bo'lgan musibatim ishagichi birodar. Hozir menga yetgan musibat mushu. 70 ni oshgan onamni 10 yil kesibdi.
Hoş. Ayalımni 20 yıl, akamni 5-20 yıl, yengemni terbiyeleş merkeziga ekşik etti. Singlimni so'roq o'ltirib etdi. 4 balamni balla turmushga suluv etdi. Ondan başka 50 milyon, 10 milyon dolardan artıqroq mülküm Xitoyda qoldi. Resmiyetler hammasi bor. Endi hozir shunda bir holatda musibat yetdi bana birodar. Mening qisqacha Xitoy tarafdan kelgan zulmni tunishtirishim mushu. Allah razı olsun. Yani 20 minut vaktimiz var. Şunun için ben sizinle aldırtıp koydum. Aslında bize ciddileşip kaldı mı aldırtıp? Yok, nait yaxşı oldu. Ama ben nait jürkem ağrıvadı da hazır mı? Yani abay siz dediniz men ballarımın qoğdaş nemisi yitilmeptiken dediniz. Aslında her bir dadından ki ondak nemisi yitildi. Aş balını tepep aşu Xitoylining qo'lidan qutqizib, ya'ni aşu pilalliq tug'utning qo'lidan qutqizib, u yer bu yerda maxfiy tug'dirib, u qilib bu qilib uni ballarni yaxshi qo'g'daqliqsiz. Ammo Xitoy bizni ajoyib aldib etdi. Biz 2-3 yilning oldida namoyishga kelinglar desak, millatimizningki %90 ekanmaydi. 10 yilning oldida Xitoy bizni yevitdi. Xitoy bizni yo'qotdi. Xitoy bilan qarshi Xitoydan qutuldigan mangayli desak, millatimizdan bakjiq sado chiqmagan az bir qism odamlar qiladi bu davoni. Men o'ylab men bu ba'zi yerlarni tushunmay qoldim. Och qilib o'qib ekanmiz chet elda. Bizga yordam qildigan odamlar shu vaqt chiqmabdi ekan, o'ylab baqdim bu millatimizni Xitoy bak oldi o'tibdi ekan. Biz haqiqatan bizni shu g'aflatga tushirib ekan Xitoychi. Çürütüp ekilip 2015-2016'ga kelgandilar bizni shu qari qo'yaqlam shu hujum qiliblam bizni mundaq yo'qotish oldiga ekilib o'tib qoldi. Shuning bilan biz ko'zimizni açsak, ba'zilarimiz ulgurdik, ba'zilarimiz ulguramadik, ba'zi qarindoshlarimiz sizga o'xshash nihoyatda jiddiy butun oila bo'yicha xonavayron bo'lib ketdi. Ayolingizga bu yerda butun qarindoshlarimizning duo qilishini umid qilaman, oldi bilan o'zim duo qilaman. Alloh subhanahu va taolo o bir anaga şu sınaqni beripti. İnşallah bunun kıyametki derecesi bek üstün. Şun sevir qilsin, o'ziga kelsin. Albatta ahaqmi chidamaydi bu ishqa. Masalan, mening 4 qizim bor bu yerda. Ballarimiz bor. Boshqa Alloh bergan ne'matlar. Ya'ni Allah unda bir sınaqni bermisin. Sizden baş qarindoshlarımizga İstanbulda shundaq sınaqlarni berganli bo'ldi. Sabr qilsin, Alloh ayolingizga sabrchanlik bersin. Musibat bek ig'ir. Uningga bardoshlik bermak tez. Unda psixologik nimaga uchqig'ini rost. Başta bo'lib qoladi inson. Axirgim chidamaydi. Sizga sabr tilayman Allohdan. Bu sınaqqa bardoshlik beringlar. Berayli. Endi vatandoshlarda nima kunni ko'rsam bo'ptikan dedingiz. Endi mush chet elda nima kunni ko'raman desiz. Va men va yana bir vijdoni va erkaklardan bu maydonga chiqqanlar, vijdonliqlar, Uyg'ur iymonliqlar bu qon qisosimizni Xitoydan olmasak bo'lmaydi. Bizga farz ayin. Ashu 4 yoshlik bolamizning, 2 yoshlik bolamizning ashu shahid qilayotgan singlingizning qisosini elish butun ummatga farz. Ya'ni Arapligim periz, Parisligim periz, Saudiligim periz, Mısırligim periz, Şarq Türkistanlıqı birinci periz. Bu perizni unutup möküvelip, nomus qilmasdan milletning yeniga ya iqtisodiy yoki jismoniyati ya ma'naviyati kelmagan vijdonsiz Uyg'urlar qiyomat kuni buning jazosini tortadi. Uning uchun siz va ayolingiz buning qisosini chet elda ilishingiz lozim. Biz ham ilishimiz lozim. Bütün Uyg'urlar mana shundaq farzandlarimizning, ochi-singillarimizning qon qisosini elish uchun mutlaqo bizga farzi ayin bo'lib ketdi. Biz Xitoyga qarshi jihodiy, qalamiy, harakati, kitobiy har qanday shakldagi vositalar bilan tinchlik yo'li bo'lsin demdi bizsi. Mayli demokratik yo'li bo'lsin demdi. Mayli bizsi inson huquqi demdi. Bütün kuchimizni ishga solib, qon qisosimizni elish Xitoyning qo'lidan qutulib chiqish bizga farz ayin vazifa bizga-ku. Bu manda Alloh hissiyat bilan deb qo'yayotgan gap emas, bu Qur'on va hadisning hukmi bu yerda. Shunga gapning qisqasi ayolingizga Alloh jiq sabr bersin. İnşallah Allah davo bersin.
Amin. Kesiligi şifalık bersin. Amin. Ve hareketleriniz bilen bütün Uygurlar birleşip hareketimiz bilen biz halkımızın kurtuldurmamasak bulmaydığı yerge yettik. Ben sözünü sizge qaytırıp berime. Amin. Tamam. Ben hakikaten üzüldüm. Bek jürkem ağırdı hazır. Mening beshimga kelsa qanday qildim degan narsani jiq o'ylab ketdim. Endi siz qanday qilasiz bu ishda? Siz nima ish qilmoqchi? Endi bayqi gapning oyig'ida hozir shu men mush da'voga atlang'ili degan 10 necha kun bo'libdi. O'zimni bu da'voga atlang'ili. Xo'sh. Kayfiyatim shunda yaxshi. Allohning rahmati bilan. Xo'sh. Ko'nglim buzildi bu gapni nima qilsam. Kayfiyatimda nihoyat yaxshilanish bor. Ayolimning, bolalarimning onasining salomatligim yaxshi hozir. O'zimni da'vo qilyotdi bir boshdan. Umu El Cezir'den ziyaret kıldı, başka bir yerden nima qilyotdi? Xizmat qilyotdi. Mushu da'voga. Da'voga atlangan yanqisi ayol bolalarimning onasining kayfiyatini ait yaxshi ulab qoldi. Menma kayfiyatimda masala ko'rilib, o'zimni yo'qotib qo'yg'ili qo'pqan. Xo'sh. O'zim his qildim. Adam xolamaydigan bir xil holat shakllanib qolgan. Biroq mushu 19 kun bo'libdi degan bu da'voga atlang'ili. Xo'sh. Kayfiyatim nihoyat yaxshi. O'zimni bir cho'ng bir ish qilayotgandek. Allah razı olsun. Ballarım bilen anamga, ümmetki yüzkilerligidek bir iş kılışkı işencem badek bir xil ruhlanıp kaldım. Allah'ın rahmeti bilen. Kalsın şunda duası bilen. Endi mening bu maqsadim oturgu çıktım. Endi hakimiyet bilen hakimiyetning oturuşu tokunuş. Nayet murakkabken. Bu siyasetini şahsen mening kallam yetmedi düşünüşke. Şuna evvel Allah'a dua qilib, bu qilgan ishlarimning shariatga uyg'un bo'lishini, buning natijasini Allah yaxshi bir natija chiqib berishiga Allohga duo qildim. Uningdan keyin inson boyada mehr shafqat butu, mehribonlik butu. Shunga hokimiyatning kuchidan insoniyatning kuchi cho'qim yuqorida turdi. Hokimiyat degan bir quruq shu var. Uningga ergashgan, qo'llagan inson bilan o qimmatini topadi. Albatta. Şunun için ben 8 milyar insanga müracaat qilish naqsida maydonga chiqdim. Yer shahridagi 8 milyar insonga müracaat qilish maqsadida bu da'voga atlanib maydonga chiqdim. Chunki inson butgan, zulmga uchrayotgan, uning e'tiqodining bo'lishidan qat'iy nazar mazlum bo'laverdi. U mazlumga zulm qilgan onun e'tiqodining kim bo'lishi va qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar u zolim deb atildi. Uning shariatdagi hukmi ayrim. Biroq mazlum, zulm uchirg'uchi mazlum, zolim zulm qilg'uchi zolim butu. Shunga 8 milyar insondan mushu narsida bolalarim va 70dan oshgan onam bilan birga yashash fursati yashashni istab da'voga chiqdim. Bu da'voimni qo'llab Xitoy hukumatiga bir mushu mediada, internetda bir bu ishni bir qiziq nuqtaga aylansa, internetda 8 milliard odamning ichida bu 8 milliard inson menga yordam berib, bir mehr shafqat yetkazib, bolalarim bilan birga yashash fursati yaratib beramiki degan mazmunda musharakatni qildim. Gapim qataq-qutq bo'lib qoldi. Maqsadim inshaalloh qachon. Yo'q, ben to'g'ri gap qilyapsiz. Her qanday insonning oilasini qo'g'dash majburiyati uning ustiga farz. To'g'ri. Gapingiz to'g'ri. Shunga bu meningki bu medialni. Bu meningki o'tirg'i 6-7 qatim o'tirg'i chiqib, shunda bir ziyoratni qabul qildim. Qarindoshlarimning, tashkilot rahbarlarining, ziyolilarining boshqa barliq bir qarindoshlarimningki buni har xil tilga tarjima qilib, dunyoda bir qiziq nuqtaga aylantirib, barliq tilga tarjima qilib, mushunda bir insoniyatga zulm qilgan, mushunda bir chekidan oshgan bir zolimningki hayot bu hozirgi 21-asrda mavjud ekanligini, bizga o'xshash mazlumningki mavjud ekanligini har xil tilda yordamlashib anglatishini umid qilma, barliq qarindoshimningki. Bu meningki bu da'voni o'tirg'i chiqishimdiki 8 milliard insonga murojaat Gül Şarkı Türkistanlık mezlumlarınki bu zulümden kurtuluş için barlık insaniyetine. Bununla yardımlaşını ümit kılıp oturgu çıktım. Cümleden şahsen üzemden ailesine mesul bulaydı. Ayalım ballarımınki, anamınki erkillik için
bu davaga atlandım. Bu dava fakat men bir medialning ziyaret qilishi bilan emas. Xo'sh. Bu uzun muddat davomlashyapti. Ya maqsad yetitme ya bu yolda Allah'ninki şehadetini kabul etme. Muşu xil holatda mangitme. Ben bunu barliq konsulluğa tayyorligim bor. Barliq konsulluğa şikayetname yazitme. Barliq insan kişilik hukuk teşkilatları hazakaza degandek barliq yerlige bu zulümni anlatitme. Bu zulümni anlatışını to'xtab qolmaytme. Biroq bununla qasanda Allah razı qarindoshlarimiz olsun. qo'llashi bo'lmasa, men bir tashkilotga ya hech qanday bir narsaning nomidan emas, shaxsiy nomimdan chiqdim. Biroq ummatning davosini qilib chiqdim. Allah razı olsun. Bununla Her qasanda zaman- yordam berishini umid qilma. Her zaman Maqsadim sizin shu, keyiningizda. 8 milliard insonga bu zulmni anglatish. Xotin bolalarım, ata-onam bilan birga yashash uchun 8 milliard insondan yordam talab qilma. Allah razı olsun kardeşim. Her zaman sizin keyninizde, her zaman sizin yiningizde biz çok. Biz sizin dostunuz Katar'da. Hemmeyle çokum teşkilatlı buluşumuz gerek emas. Şahsi mi kıyılı oldu bu inkılapını. Yalğız bolsun çıkınla degen. Yalğız bolsun çıkınla degen farzi ayin bolgan cihadi Xitoyga karşı mücadelemiz. Yalğız çıksız. 2 kişilik mi çıksız, 3 kişilik mi çıksız, topluşup mu çıkımız. Her zaman biz sizin keyninizde. Hem de bunu sizge istaçlık qiladigan yoki bu inqilobning qishiga keladigan Uyg'urlarni ko'ryapsiz. Ammo faqat kelmaganlarga nima deysiz? Oilangizningki, oilangiz to'g'risida ular nima deysiz? 8 milliard qitaq kelimiz, uning keyindan kelimiz. Avval o'zimizdan boshlaylik. Bu da Endi bu savolni shaxsan mushu ummatning davosiga ixtilof bo'lmasin, ummatning davosiga yoki bu ummatningki mas'uliyatini o'z ustiga elib oldiga chiqib harakat qilayotgan ustoz va mas'ullarga hech qanday bir gap qilib ularga norozilik bildirgan haqqimiz yo'q, chunki biz uni loyihada qo'llayolmadik. ya ulan demeyim men. Bunu kelmagan. To'xta gapimni qo'llayolmadik. Xo'sh. Qo'llayolmadik. Biroq ko'nglim yerim bulaqliq birodar. Qattiq yerim bulaqliq ko'nglim. Men mushu balamninki, onamninki mushu zulmdan qutulish uchun Turkiyada bir 100 ming kishilik imzo qo'yish kampaniyasi degan bir narsani iltimos qilib olgan. Xo'sh. Bu 100 ming kishilik bu kampaniyaga 100 ming odam imzo qo'ysa, Turkiya parlamentidan şu işini bitirib qilish kun tartibiga kirib bizni chaqirib, "Xo, qilaolsin, qilammisin?" bizga javob bergan. Türkiye'nin senin bu işin nima ish ya qilaolaymiz ya qilolmaymiz ya ma shaklda ya sabr qil degandek nimalikin bo'lmasin. Bu ummatning ichidagi mendek bir mazlum zulmga uchirg'uchining ahini 580 dona odam bor parlamentda bir davlatning ichida kun tartibiga o'rnatilgan bir ish ekan bu. Xo'sh. Men o'yladim, mustaqillik, davlatchilik bir narsani Turkiya qo'llamay qolsin hozirgi vaziyatda. Hozir siyosiy vaziyat hamma bilan tushunibmiz. Türkiye'ye nispeten bizge qolaysız bo'layotidi. Biroq mening shaxsiy davoyim bo'lgandikin Turkiya bek bir ahamiyat berishi mumkin buningga. Bu narsiydi bolalarım bilan onamning davosi bo'lganligi uchun da bir imzo qo'yish kampaniyasi o'tirib chiqdim sizga ko'rgatlar. Ko'rdim. Shu vaqtda istiqbolda meni ziyorat qilgan vaqtida Xo'sh. Sittom Turkacım, Hidayetullah Hacım, Teşkilatlar Birliği, Ulemalar Birliği, Dünya Uygur Kurulturu, onundan başka barlık ziyalıyla, okugucular, studentlar, hemmesinden bana yardım verişini, mesleğet verişini, bu yolda menişimde beni kolluşunu, bu 100 bin imza koyaş kampanyası 100 bin sanığı yetkizişki yardım veriş için hemmesine müracaat kıldım. Siz anlaqlıq bunu. Şundak. Müracaat oturgu çıktım. Men mında oylap demenken. Men oturgu çıkıp mediadım birazke. Bir yığlap derdimni eysam 45 milyon Şarkı Türkistanlık Uygur milleti ba dep anladı. 100 bin kişilik kampanyaya toşap ki tuttu dep yaman işencem beydi. Çünkü ben bir hareketçan edem. Xo'sh. Men hiç qanday bir yerga tava emas. Men edemning keyinde emas, davanın keyinde. Xo'sh. Dava butgan imkoniyatimni sarf qilma. Xo'sh. Bir yığlap 100 binga yetkizib etishigina qat'iy ishoncham beydi qolis. Men ya o'ylayolmay qoldimmi? Chunki hozir vaziyatda hammadan zulmga uchrab, biz birlikni qazolımga qarshi turish Xitoyga nisbatan o'chmanlik hamma o'ylandi barobar bo'lgan.
Muşunda bir halatda men bu derdimni aytip 100 ming tal imzany koydurup atma dep şunda işenci bilen oturgu çıkıp Hoş. ustazlığı dedim. Hı. Müracaat kıldım. Hoş. Fakat afsus hazır 3 mingge bamidi 20 neçe gün boldu bugün. 7-8 gün vaqt kaldı toşutkan. Bu cihette 10 qerindişim. ming tal teşviqat varıqı biz taqatdım. Hoş. Ondan başka topladı zaten hakını ziriktirip ettim. Bu şu imza koyaş kampanyası yerden beriş için. Hoş. Avrupa'daki müracaat kıldım. Hı hı. Tek 3 mingge bamidi. Hoş. Bu mene bu irademden yandırılmaydı. Bu kampanyanınki yerim buldu. Kampanyanın vaqti qachongacha? Vaqti. Vaqti yana 8 gün vaqti kaldı. 8 gün. Buni biz qo'lga alayli bu ishni. Ma bu Amerikadagi imzoning ishi mo yani 4 kungacha tugaydi. Bizning hali imzo degan narsa yangi chiqqanlik uchun xalqimiz buni ko'namay taq amdilatin ko'nab taq bir nim Bir qilib. dakika vaqt verse davamlaştırıyorlar Xo'sh, gapini. 3 minut vaqtlari bas, 3 minut so'zlab vaqti bo'ldi. So'zim tugadi. Ko'nglim qattiq yerim bo'ldi. Madaniki men oldingi Avrupadan kelgan imzo kampaniya imzolash nimasida maxsus ulu jamining ichida ballig'i iqtisodiy jihatdan qo'llab o'ltirg'izib imzo qo'yitqanga shakldagi yordamlashiklik. Bu qatimqi sitajim bayonot e'lon qilgan namoyishqimi men bugun 10 ming tal tashviqot varaqi bostirib taqatdim. O'quvchi bolalar bugun 4 mingni taqitib bo'ldi. Üzemnin davarını bunda koydum bugün. Çünkü ma ümmetninki ikende. Bırak ko'nglim şunda yerim bo'ldi. Sitacim TV5'te bir qatım ziyorat qilishga billa hep berib 10 minut so'zlash fursat berdi. Anqarada cho'ng bir yig'ilish bor ekan, Yoshlar partiyasining yig'ilishi. U yerga berib, u yerda 5 minut vaqt berib deb 10 minutdan ortiqroq vaqt berdi. Nəhayət memnun oldum. Allah razı olsun Sitton Türkacimden. Muşu dava işimge nispeten bana 2 çoğun meydan hazırlayıp verdi. Bir yerde derdimni anlatıp aldım. Derdimni anlatıp aldım. Bırak 3 minge bağmaptı dahi. Ondan başka Türklüdün, yerliklüdün bazı bir ali mektep okuyucuları yardım kıldı. Ondan başka teşkilatlıdın. Halınız niçin? Ya Ulemalar Birliği, ya Marif Derneki, ya Teşkilatlar Birliği, ya Urgu'yu kurulturdun. Bir edem halınız ne çünkü oturup çıkıpsınız, nemiş kıtmırtmız, ne mi yardım kıtmız, değil mi de. Ondan başka, onun dinkin yani yalnız kişilik, yine bir yardım talep kıldım. Görülmüş teşkilatlıdın. Yalnız. Bu bayanatnamı ilan kıldım. Allah razı olsun kardeşim. Biz bunu yani kayıt qo'lga olamiz 2-3 kundan keyin sizni ayrim 2 soat vaqt berib sizga. Çünkü 2 minutdan keyin avtomatik taqilib ketadi. Ma bu mening programmamchu. Facebookning bizga bergan 4 soat vaqt to'shidi. Buni biz qo'lga olamiz. Unda o sizning kampaniyangizni qo'lga olayli biz bo'lamdi. Shu Amerika kampaniyasi tugagandan keyin sizninkini qo'lga olayli. Bütün tashkilot, bütün naslda yeningiz turib buni to'shqizib terishayli. Shunday qilamdik. Allah razı olsun. Aynı akıllı. Aşta qilayli. So'ngda shu bek yerim bo'ldi, shuni bir so'zlab o'tgim keldi. Ya bunun da bir qancha xil sabab bor. Hozir vaqt masalasida bulamaymiz. Çünkü ulamo intayin aldirash. Belkim siz ya yaxshi anlatamagansiz. Men Uyg'ur Türkiston Ulamalar Birliği bilan ko'rishay. Ataullah Şehriyar baş reis hem de hazır. Efendim doktor. Onundaki Nidayetullah'cım ba. Onundaki Dünya Uyg'ur Qurultayıdan Dolqun Aysa efendim ba. Ve başkalar ba. Rabia Hanım ba. Onundan başkalar ba. Bunu bir qo'lga alayli. Bu işini to'shqizib terishayli. Siz buningki elektronik ve qog'oz hamma ishlarni tayyor qilib tursangiz, buduq programmada biz buni qo'lga chiqib bütün xalqimizga buni bir nim qilayli, safarbarlik keltirayli, bo'lamdi? Allah razı olsun Nureden. Allah sizden razı olsun. Ben sizin gapingizni kecha anglasam uxlamayman %100. Ama mavi avtomatik taqiladi programma 1 minutdan keyin. Şu meni kechirsiz bu qitim. Tamam, tayyorligim bo'pti. Yani taxib bir so'zlaydigan ko'nglimga tutgan nurg'un. Ya mavazir mening ixtiyorligimdagi narsa emas. Facebook şirketi. Tamam. Allah razı olsun. Yana bir qatim ziyorat qilishingizni umid qilman. Bir vaqt chiqarib. Siz unumusunuz mi chiqaman? Gapimni boshlaydi. Gapimning boshlanmoqchi kelgan. Hozir bu yerda teşkilat rehberleriga nisbatan bir yomon ayg'ini tushirgan bo'lsam, nihoyat yaxshi bir ko'nglim. Ya uni buduq programmada siz hozir nima desangiz to'g'ri qarindishim. Ayg'ini bir güzel bir şekilde tushiraman. Men sizga dey. Bulab qoldim ishada. İnşallah. Siz nima desangiz to'g'ri. O teşkilat başliqlari xafa bo'lib qolmaydi. Nima desangiz to'g'ri. Ziyonkashlik kuchqig'ichisiz. Ular hech narsa demaydi. Hech kim hech narsa demaydi.
Bu da qitimda siz gepinizning ayog'ini tushiring, bo'lamdi? Inshaalloh. Tamam. Yani tamam. siz ko'nglingizni o'ylamangki, ular xafalab qolamdigan deya gepimning yerimi qoldi demang. Siz nim desangiz haqli hozir. Og'zingizni buzib tilasangizmi bizlarni, rahbarlarni, olimni, ulamoni siz haqliqsiz. Allohga omonat, yana bir qitimlik programmada ko'rishimiz inshaalloh. Allah emanet.